Kız yigit xorlangan, ayak asti qilingan, ezilgan shu xalqimning qo'llarini suygim bor mening. Feryadim osmon felek dökülgechga qonsilda, ejderhanın ağzıdım, vatanimni algım bor mening. O'zg'alg'in Uyg'urman, vatan qo'ldim hargiz chatligay. Ay yolsuz ayrılığım, gökyüzüne pürgün bor mening. Assalamu alaykum, hörmətli qarindoshlar, yaxshimi yo'qsizlarmi? Bugungi Arslan Live suhbatimizga xush keldinglar. Bugun ikki qimmatlik mehmonimiz bor. Ular bo'lsa, qimmatli vaqtdan vaqt chiqarib, ajratib, muhim temalarda, muhim savollarda bulunmoqda. Bu hozir ikki mehmonimizni ekranga taklif qilaman. Birinchi Ömer Qanat efendim bilan Mehmet To'xta efendim ekranımıza hoş geldinglar. Hoş bulduk. Rahmet Arslan. Yaqinning yoqi bo'layotgan ba'zi masalalar bor, chuqum deyilishga lozim bo'lib qoldi. Sizlar albatta ish ustida bo'lg'ashqa ba'zi ishlardan balki xabarsiz qoldinglar, balki xabardor bo'lib qoldinglar, lekin shu qimmatli vaqtdan chiqarib o'sha kelganlarga o'zim xursand bo'ldim. Men nurg'un diasporadagi Uyg'ur qarindoshlarimiz xursand bo'ldi deb o'ylayman. Shuning oldin olib sizlarga rahmat aytaman. Rahmet. Biz rahmet aytamiz. İnşallah. Albatta bu yerda nurg'un qarindoshlarimiz savol so'rg'isi bor. U bo'lsa, mening savollarim so'rab bo'lgandan keyin inshaalloh bu programmaning oxirgi app qo'yma. İnşallah men bir telefon nomeri qo'yib qo'yman WhatsApp orqali. Odul telefon qilmay, boshqa bir mesaj yozib, mening bir savolim bor deb, yoki bo'lmasa mesaj orqali bir savolim bor deb mesaj yozib etib, andan keyin inshaalloh vaqtimiz yetguncha amalda savol so'raganlarning savolini ilishga tirishman inshaalloh. Aldı bilan shu şekilde başlag'im bor. Yaqinning yoqi shu Facebookda bo'lsin, ba'zi qarindoshlarimiz bayonotlari berdi. Mishada shu hozir ancha-muncha qaynayotgan, deyilayotgan shu Nijat Turg'un efendimning yaqinda bir bayonot bergandi. Shunga doir bir savollar so'rag'im bordi. Ko'pchilik anlash uchun. Birinchisi shu bu yerdan chiqqan narsalar bo'lsa, shu Dunyo Uyg'ur qurultiyi Sharqi Turkiston ismini ishlatish yeriga Uyg'ur region, Uyg'ur rayoni yoki bo'lmasa Xinjiang Uyg'ur avtonom rayoni degandek mushtaq vatanimizning ishlatishdan boshqa mundaq ismlarni ishlatyapti degandek bir gaplar bulunmoqda. Shuningda bir ichiqlama, bir aniqlama bergan bo'lsanglar. Rahmet Arslan. Rahmet. Assalomu alaykum. Aziz ko'rmanlar, hammanglarning shu vaqti xayrli bo'lsin. Bu savolga javob berishdan burun bir nima deb o'tib ketmoqchiman. Chunki hammamiz Uyg'ur, Sharq Turkistonlik, hammamiz bir kiyimning ustida. Bu kiyimni bossa hammamiz birga botamiz. Albatta bizga qarshi ko'z qarashlar bo'ladi, tanqidlar bo'ladi. Biz ularni ijobiy tanqidlar bo'lsa, u tanqidlarning hammasini qabul qilamiz. Bu yerda bir xatolashmaydigan bir Allah var. Bu Allah'tan başka hamma adam xatoliklarni o'tkazdi. Dunyo Uyg'ur qurultiyidagi rahbarlardan bo'lsin, Dunyo Uyg'ur qurultiyining siyosatidan bo'lsin, ba'zi xatolar o'tgan bo'lishi mumkin. Boshqalarning ko'z qarashida. Endi buni biz albatta yaxshi qarshi olamiz shunday tanqidiy fikrlarni. Chunki tanqidiy fikrlar muhim. Bizningki texmo to'g'ri mengishimiz, texmo yaxshi to'g'ri yo'lda mengishimiz uchun bu tanqidiy fikrlarniki davomli bo'lib turishini biz orzu qilamiz. Va shularga ko'ngil bo'lib, shu tanqidiy fikrlarni bergan insonlarimizga biz rahmat aytamiz. Ama endi bu tanqidiy fikrlar
biz hammamiz qaysi ko'z qarashda bo'laylik, qaysi guruhda bo'laylik, qaysi tashkilotda bo'laylik, oxirida biz hammamiz birga kelamiz. Birga kelish majburiyatida biz vatanimizni ozod qilish uchun, Xitoyning asoratidan qutuldirish uchun, xalqimizni erkinlikka chiqarish uchun hammamiz birga kelmasak, bu ish bo'lmaydi. Sen bo'lmasang, yana bir bo'sh qoladi. Menmi bo'lishim kerak, senmi bo'lishing kerak, u mu bo'lishi kerak. Bütün xalqimiz buningda o'xshash sahm elishi kerak. Bu yerda tanqid fikrlarini bayon dedim, qabul qilamiz, lekin bir-birimizga qarshi biraz ölçülük bir tanqidda bo'laydi. Bir-birimiz qarshi hujum qilmayli. Kelgusi deganimdek birga kelamiz, birga kelgan chaqda assalomu alaykum deb bir qo'l berib ko'rishalaydigan bir ahvolda bo'lishimiz kerak. Shu nimani saqlab qolishimiz kerak. Bütün inglizlar nima gap bor? Burn the bridge'da bütün nimalarni, ko'riklarni ko'ydirib atsak, bir araga kelinmaydigan bir holat kelib qolsak, bu yaxshi emas. Endi Nijat qarindishimizningki fikriga kelsak, uning menmo qaradim, siz degandiki men hamma nimani ko'rib chiqdim. Nijat qarindishimiz ve Rukiye Turduş bizningki nayte qimmatlik insonlarimiz. Şu dava işideki qimmatlik insonlar. Biz uzundan beri billa hamkorlashib keldik, ba'zi yerda ishlab keldik. Ularninki bizga hurmati var, shaxsan menga hurmati var, meningmi ularga nayte hurmatim bor. Men ularni kelgusidagi nayte qimmatlik dava ishidagi qimmatlik bir shaxslar deb qarayman. Onun uchun ularga bo'ladigan undaq yersiz hujumlarga albatta bizmi qarshi. Albatta ularninki haqqi edi. Bu Dünya Uyg'ur Qurultayidan biz demokratik bir nimada yashayapmiz. Devletlarda yashayapmiz. Ularninki demokratik bir haqqi. Dünya Uyg'ur Qurultayidan chiqib ketishi, istifa berishi, buni normal bir nima qarshilaymiz. Lekin birla bizningki biraz to'g'ri topmagan yerimiz bularninki şu usul bo'yicha bu ishni qilmaganligi deb qaradik. Chunki agar istifa bersa, buni raislikka, qurultay raisligiga berish kerakdi. Raislik undan kelsa ularga javob beradi. Ularninki istifosini qabul qilib e'lon qiladi endi. Shu bo'lmay qoldi. Uningdan boshqa bundan kimmi ularga hurmatimiz davom etadi. Bular vatanparast insonlar deganimdek. Ama meyada endi bu Nijat qarindishimizmi ba'zi nimada men ko'rganimda biraz ishib ketib qoldi. Dozini qochirdi deydi endi turklarda. Shundaq bir nimalar bo'ldi. Ba'zi balki insonlarga texi qo'lida balki paket yo'q hujum qilgan yerlar bo'ldi. Uningdan keyinsa o'zi xalqaro munosabatlarni o'qigan bir qarindishimiz. Shuning hatto biz uningga ba'zida uningdan maslahat so'raydigan qarindishimiz. Qo'popsa bu endi bular Dünya Uyg'ur Qurultayi Sharq Turkiston ismini ishlatmadi. Bu Sharq Turkiston masalasini o'tirib qo'ymadi. Yozgan dokladlarida shunda Sharq Turkiston o'rniga Uyg'ur rayoni dedi. Uyg'ur rayonini bular shunda qiliplashtirgan bir nimaga aylantiryapti deb buni dedi. Bu dava her qanchalik yükselgen siri, siz en yuqori nimalarga chiqqan siri bu davaning qanchalik murakkab bo'lganligini, qanchalik qiyin bo'lganligini shu chog'da anglaysiz. Ham sirtda o'zi biladi turg'un nima Nijat qarindishimiz bor. Sirtda namoyish qilganlar, namoyish qilish, shuar to'lash bu nimalar oson. Davlat nimalari bilan bir araga kelgan chog'da, davlat koridorlariga kirgan chog'da, davlat rahbarlari bilan, arboblari bilan bir ustalda o'ltirgan chog'da bu yerda qiyin ahvolda qolasiz mushu masalalarda. Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga sungan dokladimizda Sharq Turkiston deb oladi deydi. Sharq Turkiston olgan chog'da dokladimizni Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga ivatilgan dokladlarni Birlashgan Davlatlar Tashkiloti o'zining web sitesidan chiqaribdi. Sharq Turkiston nimasini bu yerga qo'ysanglar bu dokladni bu yerga qo'yolmaymiz deb. Bizning maqsadimiz Uyg'urlarning ahvolini dunyoga anlatishdi. Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga elib kirishdi.
Birleşken Devletler Teşkilatı'na ilip kirgenligimiz için nait usta bir stratejiye bile bu hazır Uygur meselesi üzerimi itiraf kılıklık Uygur meselesi halkaralaştı. Halkaralaşıda bu Dünya Uygur Kurultayı'nın rolü bu davanı nereden nege epkegelligini bayam sohbetim dedim o bayam kedimde bu Türklerde bir gap var. Yiğiti öldür ama hakkını ver deydi. Bu degen gap bir kahramanını öldürmezsen mi öldürvet lekin onun kılgan işlerini itiraf kıl deydi. Şuna okşaşan Dünya Uygur Kurultayı'nın neçe yıldan beri böyle işlep kelgen hizmetlerini takdirlegen Dünya Uygur Kurultayı'nı muşundak nimedilla kopapsa bunun bütün kılgan işlerini inkar kılıp bütün kılgan işlerini vatan milletimizge ziyanlık bir şekilde işbadlaş, köstüş bu yaxşı bir hareket emas deb qarayman. Şununla deganimdek bazı yerlerde biz şu nima ishlatmaslik uchun ular bizga majburlab tinib turib olsa Şinjan Uygur Abdunum rayonu deysizlar. Muşunda demisanglar biz mani qabul qilmaymiz, dokulatыңlarni, yama arzinglarni qabul qilmaymiz desa, hiç bo'lmasa biz deymiz endi Şinjan demayli, Uygur ili deyli, Uygur rayonu deyli deganimizda, texi buni naiti ular bilan ko'rash qilib turib, ular bilan naiti uzun mujodaladan keyin buni qabul qildiga yerlarimiz bor. Mesela deyli hazır bir dünyada mecburi emgek koalisyonu var. Bunun da 200'den oşuk nima var? Teşkilat var. Resmi teşkilatlar var. Devletki münasebetlik teşkilatlar var. Muşuna biz başta nima qilgan chig'imizda hatta muşular Şinjan Uygur Abdunum rayonu deb yozamiz bu nimaga, bu koalisyonningki bütün bayonotlarini muşunda e'lon qilamiz dedi. Shuningga qarshi turib, shuning bilan takallışıp durup nurgun münaziralardan keyin akilip ondakin ahire hiç bulmasa başta deysizlar Şarkı Türkistan dep muşnunga kabul kıldık. Andikin kalgan nimelerde Şinjan Uygur Abdunum rayonu dep anmaydı bula Uygur rayonu dep alırdı. Hiç bulmasa Şinjan degenli üyedin üçegizdik mesela de. Bu nime nurgun işlerden keyin nurgun tırışçallıklardan keyin kolgu kelidi. Biz Şarkı Türkistan meselesi yo'qolib ketgani yo'q. Uyg'ur kimligi ostida biz Şarkı Türkistan meselesini xalqaralashtirdik. Shuning uchun beradigan javobim shu, yana qolgan savollar bo'lsa, Mehmet To'xtiningki qo'shiladigan nimasi bo'lsa albatta. Men ikki qiz qo'shimcha qilay. Hurmatli Ömer Qanat apandi yaxshi bir kirish qildi bu masalaga. Talaş tartışlarga neç vaqtdan beri bu ham mening vaqtim bo'lmadi. Nurg'un ishlar bo'ldi, qurultay bo'ldi, anadan keyin Uyg'ur milliy qirg'inchilik soti bo'ldi. Hammamiz qurultaydan keyin qaytib kelgandan keyin aldirashib ketdik. Chunki planlagan ishlarimiz bo'ldi. Shundan hammasi qarab bo'lmadim. Yuzaki qaradim, lekin ba'zi narsalar mening biroz diqqatimni tortdi. Bu bütün bu talash tartishlar qarasak, Ömer Qanat apandi degandek tanqidlar bor. Beşimizin üstüde yeri var. Hatta karşı fikirler var. O karşı fikirlerinin beşimizden üstüde yeri var. Yani biraz inçikilep karısak kutratkuluk var. O Uygur davasını, Dünya Uygur Kurultayı başçılık etken Uygur davasını, Uygur Şarkı Türkistan davasını sitivetti de imza toplavatkanlar var. Dünya Uygur Kurultayı'nı vatan haini Şarkı Türkistan davasını burmulavatkan teşkilat diyenler var. Yani birisi bu Dünya Uygur Kurultayı qartılgan hücumda Xitoyning Beyjandagi hükümeti bilen paralel halda okşaş tilini işletiyotganlar var. Şunlaşka bu o'ttiridagi fikrlarni yolg'iz tanqidiy fikr deb men Ömer Qanat apandimdek unda biraz qo'sig'imni kam tutolmayman bu masalada. Ayrishimiz kerak. Haqiqatan xalqimiz bor, qaymoqib qolgan, ishning nimaligini bilinmagan Dünya Uygur Kurultayı'dan aldirashchilik bilan loyihada ba'zi ko'ngillik savollarga javob topolmagan. Shuni qanday qilsam bo'ladi deb arasalchilik qilib qolgan. Ama bu yerda mening asosli turdig'im qarshi fikr emas, qarshi fikr albatta bo'ladi. Lekin yana bir masala var biz bu yerda diqqat qiladigan. Davlatlarda o'xshamagan siyosiy partiyalar va o'qituvchilar bor. Lekin milliy manfaat nuqtasi kelganda farqlarni
o'xshamasliklarni qarib qo'yib, milliy manfaatda shu butun o'xshamagan bir-biriga dushman bo'lib ketgan siyosiy partiyalarni birlashidi. Buni biz o'zimiz turib yashayotgan davlatlarda ko'ramiz. Hammamizning chet elda yashayotgani uzun bo'ldi. Bu bir eng aqalli bir tajriba. Endi Sharqiy Turkiston da'vosi shu yaqinqi 2-3 yildan buyon bo'libmi? Shu Uyg'ur milliy qirg'inchilik sotidan keyin bu da'vo endi xalqaro sahnaga 2 nuqtadan kirdi. Birisi xalqaro siyosiy shu strategiyaning, Xitoyga qarshi umumyuzlik strategiyaning, Xitoyning kengaymichiligini to'sish, Xitoyning shu 21-asrda Uyg'ur, Qozoq qatorliq Sharqiy Turkiston xalqiga ilib berayotgan milliy qirg'inchilik jinoyatini bosh omil qilib turib, Xitoyga qarshi bir ochiqlanish bor dunyodagi asosli g'arb davlatlarida. Shunlashqa bu da'voning siyosiy tarafi, siyosiy sahnalarda yuqori pallaga chiqishining bir sababimi shu. Yana birisi qonuniy jihatdan bu yuqori pallaga chiqyapti. Endi Sharqiy Turkiston da'vosi xalqaro siyosatning va xalqaroda qonuniy soha bo'yicha ilib berilgan 2 putliq muhim bir da'voga aylandi. Ham Dunyo Uyg'ur qurultiyi shu har 2 tarafdagi mayli xalqaro shu Sharqiy Turkiston da'vosining xalqarodagi siyosiy putiga, yana birisi qonuniy jihatdan ilib berilgan shu qonun jihatga Xitoy qarshi ilib berilgan kurashning yana bir qonuniy putiga, 2 putiga hozir avangardlik rol o'ynab, shu da'voni to'g'ri kanalga boshlab Xitoy qarshi ham siyosiy jihatdan ham qonuniy jihatdan natija oladigan ba'zi qadamlarni bosayotganda qarasak, ayada Xitoy tipirlab ketib bordi. Her haftaligida qurultay qarshi nayta hujum qiladigan, bayonot beradigan davlatlarning shu Dunyo Uyg'ur qurultayini qo'llaydigan har xil siyosatlarga qarshi shu davlatlar bilan diplomatik bisim ishlatib butun amallarni yo'lga qo'yib, qurultayni to'saydigan bir yo'l ko'rib ketib bordi. Yana bir jihatdan qarasak, chet eldagi ba'zi qutratqulik niyatidagi kishilar va xalqimizning sop niyatini suiiste'mol qilib, Dunyo Uyg'ur qurultayidan biroz ba'zi masalalarda ko'nglida oydinligi bo'lmagan yoki mujmal tushunchasi bo'lgan yoki qurultaydan har xil sabablardan ko'ngli ranjigan ba'zi kishilarning sop tuyg'usini iste'mol qilib, ularni bir yerlarga boshlab ketib boradi. Shunlashqa bu masalaga kelganda mening shu Dunyo Uyg'ur qurultayining qonun komitetining mudiri bo'lish sifatim bilan qarindoshlar deydiganimiz shu. Hozir Sharqiy Turkiston da'vosi halqalik bir yer keldi. Sharqiy Turkistonda mayli ko'z qarashi nim bo'lishidan qat'iy nazar, hozir bayonot berishga to'g'ri kelsa, bayonot beradigan birdan bir adres va umu Xitoy hukumatiga qarshi beradigan bayonot bo'lishi kerak. Dunyo Uyg'ur qurultiyi hozir hech qanday bir tashkilot qarshi qurilib hozirgacha undaq bir bayonotni berib boqmadi, xalq harakatini qo'zg'ab boqmadi. Ya'ni u deganlik butun hozir va dunyoda bo'layotgan ba'zi o'zini Uyg'ur tashkiloti deyotgan, qalpoqning cho'ni kiyayotgan shular bilan bizning fikr jihatdan ixtilofimiz yo'qmi? Albatta bor. Lekin mayli ular nim bo'lishidan qat'iy nazar, nimasini qilsindir. Masalan, ba'zi bir tashkilot 2 yil burun, 1,5 yil burun biz shu Uyg'ur Londondagi Uyg'ur sotini qurish mezgilimizda va xalqaro jinoiy ishlar sotiga arz qiladigan bir faoliyatni boshladi. Unida natija chiqmaydiganligini bilamiz biz. Shu vaqtlarda qurultay ishki qismi deyishdi. Natija chiqmasa xalqaro matbuotlarda mushuning bir matbuotlar orqali da'voning to'nilishiga foydali bo'ldi ekan, shunlashqa bo'pti, qarindoshlarni to'simayli dedi. Ammo natija chiqmaydiganligini bilamiz. Ya'ni qurultay bu shu dunyoning har qaysi yerlarida faoliyat qilayotgan tashkilotlarga nisbatan mayli ular nima qilsin, o'zlarini nima deb atsin, hozircha ularga nisbatan imkon bor. Salbiy gapni qilmasdan u bayonot unda qarshi safarda harakati yo'q bizda. Shular bilan imkon bor birlashib, hozirgi bizning birdan bir dushmanimiz Xitoy. Chet eldagi Uyg'urlar orasida xilma-xil fikrning bo'lishi normal. Xilma-xil tashkilotning qurilishini hech kim to'sab qolmaydi. Bundaq ahvolda biz diqqatimizni ichki ixtilof paydo qiladigan masalalarga emas, asosliq dushmanimizni qartayli deb shu maydonni tutib keldik. Ammo ba'zi qurilgan yoki o'zini tashkilot da'vogarlar qurilgandan buyon Dunyo Uyg'ur qurultayiga qarshi elib borgan tashviqotini, tashkilot qurishning birinchi maqsadi qilgan ishlarni biz ko'rib kelyapmiz. Ammo yaqinqi ba'zi harakatlar bo'lsa, u tanqid yoki qarshi fikr nuqtasidan halqib hozir qurultayni Uyg'urga vakillik qilmaydi deyotganlar bor. Yoki shu fikrni ilgari surayotganlar bor. Bu Dunyo Uyg'ur qurultayi Uyg'urga vakillik qilmasa,
Dünya Uyghur Kurultayı Şarkı Türkistan'dan ibaret mesullangan mustamil kılgan zamanның azatlığı, şu vatanның mustaqillığını kol keltirishning siyosiy, qonuniy va strategik qadamlarini planlab, şu plan bo'yicha bu ishlarni qilib dunyoda belgilik bir o'rin kelyapti. Xitoy shuni e'tirof qilyapti. Xitoy Dünya Uyghur Kurultayini Xitoyni parchalaydigan birdan bir bo'lgunchi kuch deyapti. Shunda sharoitda bu qurultay Uyg'ur xalqiga vakillik qilmagan deganlar hamda ular kimga vakillik qildi shuni so'rash kerak. Agar Dünya Uyghur Kurultayı bu Uyg'ur xalqining manfaatiga vakillik qilmagan bo'lsa, nima deb Xitoy chiqangishdi? Nima deb Xitoy Dünya Uyghur Kurultayini Xitoyni parchalaydigan tashkilot deb bosh dushman e'lon qildi? Agar bunda e'lon qilgan bo'lsa, demakki qurultayning tutayotgan yo'lining, xalqaroda paydo qilayotgan ta'sirining, ko'rsatayotgan kuchining Sharqiy Turkistonning mustaqilligini amalga oshirishdagi to'g'ri bir yo'l ekanligini Xitoyning qaqshashlaridan ko'rib turibmiz. Qurultay mushuna mansa Sharqiy Turkistonning mustaqil bo'lishini iborat bir reallikning amalga oshirganligini Xitoy his qilyapti, bilyapti, shunglashqa hujumni qurultay qaratyapti. Bundaq sharoitda ba'zi qarindoshlarimiz buni bu vatanning mustaqilligidan iborat shu g'oyani birdan bir qurilish dasturi qilib qurilgan va shuning uchun yaqinqi yillardan buyon emas, toki 90-yillardan boshlab atani urug' tuqqan qavmi qarindosh boy yo'q, hammasini qurbon qilib bu va Sharqiy Turkiston davosini qilish chet elda emas, hatto Uyg'urlar orasida shunday qiyin ahvol paydo qilgan sharoitda biz 90-yillar, 2000-yillarning boshlarini biz bilamiz. Şu chet elda Uyg'ur davosi qilayotgan qarindoshlardan Uyg'urlar qochadi, bularning qishig'i berib qolsak vatanga borolmaymiz, urug' tuqqanlari anda bo'ladi, manda shunday sharoitda bu davoni qilib hozir mush bir yak keldi. Bu qarindoshlar bu davo qilayotgan qarindoshlar Dünya Uyghur Kurultayı tarkibida ota-onam nim bo'la, urug' tuqqanlarim nim bo'la demay mush davoni qildi. Hatto butun ota-ona urug' tuqqanlarini Xitoy zolimlarining changiliga saptirib turib, shuni badal qilib turib, mush nuqta keldi. Bu qarindoshlar bu badalni nimaga to'ladi? Bu Dünya Uyghur Kurultayı Uyg'urlarga vakillik qilmasa, bu badalni to'lashga arzimdi. Men onamni qurbon qilishimga arzimdi. 37 tuqqanlarim meni bevos tuqqanlarim 2016-yili 10-oyning 23-dan boshlab yo'q. Men ularni nimada qurbon qilaman? Yana bu qarindoshlar degandek arzimas ishlar uchun buni qurbon qilishga arzimdi. Shunglashqa bu yerda biz bu masalaning tagiga biroz kirishimiz kerak. Qaymoqib qolgan qarindoshlarga shuni deyish kerak. Dünya Uyg'ur Kurultayıning birdan bir g'oyasi bor. Sharqiy Turkistonning mustaqilligi. Onundan başka hiçbir ikinci bir narsani Dünya Uyg'ur Kurultayı qabul qilmaydi. Bu nokta. Bunun hech qanday murosasa qiladigan yeri yo'q. Dünya Uyg'ur Kurultayı mustaqillikni nishon qilib turib qurilgan. Men vatandan 91-yili ayrıldım. Mana 30 yil oldu. Ailemden hiçbir insanni ko'rib bakmadım. Ailemmi, anam, tuqqanlarim hech kim meni ko'rib bakmadı. Bu bedelni nima deb to'laymiz? Vatanning mustaqilligi uchun to'laymiz. Ve töyleyimiz bunu onun için. Nima bo'lishdan qat'iy nazar. Mushu g'oya bilan qurilgan bu tashkilotni qandaqdir Sharqiy Turkiston davosini sitivetdi deyish uchun bir inson ya aqlidan ozg'on bo'lishi kerak, ya bo'lmaydi. Bularning aql bovlari boshqa bir markazdan kelgan bo'lishi kerak. Buning boshqa turli izohati yo'q. Shunlashqa mening ba'zi narsalarni aniq qilib o'tay. Tanqid bergan fikir bergan, hatto Dünya Uyg'ur Kurultayıga ilmiy usulda qarshilik qilgan qarindoshlar bilan hech qanday bizning nimamiz yo'q. Ularning fikri beshimizning ustida. Bugun qabul qilmasak ba'zi ko'z qarashlar to'g'ri bo'lsa, ertaga u qabul qilinishi mumkin. Biz bunga keng doiralik qaraymiz. Bizga qarshi turibdi deganlik da'vo qarshi turganligimiz. Ammo Dünya Uyg'ur Kurultayı Sharqiy Turkiston davosini sitivetdi desa, bularga deydigan ishki qizgipimiz bor. Bular aqli hushini biroz yig'sin. Hozir bizning kurash nishonimiz Xitoy bo'lishi kerak. Dünya Uyg'ur Kurultayı bilan fikr o'qishimizni uni qabul qilamiz. Albatta fikr o'qishmagan tashkilotlar yo'q. Dunyoning hamma yerida uni ko'rib turyapmiz. Lekin hozir bu xalqlik paytda o'qishmasliklarni bir yon qarab qo'ydigan, milliy manfaatni asosli o'rinda qo'ydigan bizning dushmanimizning Xitoy ekanligi,
xalqimizga milliy qirg'inchilik, xalqimizni tubdan yo'qotish siyosati yuzi yurgizayotganning Xitoy ekanligi, shunlashqa energiyamizning, kuchimizning, mablag'imizning va strategiyamizning asosli nishoni Xitoy ekanligi. Mushuning qartilish kerak. Mushu reallikni men qarindoshlarga yana bir qatim eskartib qo'ymoqchi. Rahmat. Bir nima men mishada abbayamga so'ragan savolingiz bilan munosabatlik bir nimani men shu dal savollarga kelay deyman. Shu savolda munosabatlik bir nima bu yerda deyilgan gap bor. Hozir shu sizmi degandek hozir munozara bo'layotgan gap bu nimani Nijotni va Ruqiyani Xitoyga setilgan degan gaplarni ko'tarib chiqib, shunda nim bo'lyapti bu yerda. Dünya Uyghur Qurultayiningki 207 vakili, undan 150 tek kandidat vakil var, 350 vakil var. Bu 350 vakil o'zininki web sayfasida, o'zininki Facebook'da bir nima e'lon qilsa, bu nima Dünya Uyghur Qurultayiga vakillik qilinmaydi. Dünya Uyghur Qurultayining o'zininki rasmiy bayonoti bo'lmasinlar, rasmiy web saytida e'lon qilinmasinlar, ya bir rahbari, o'sha ijroiya komitetiga bir rahbari tarafidan berilmasa, hech qanday bayonot, hech qanday açıklama, hech qanday bir gap, so'z bu Dünya Uyghur Qurultayiga vakillik qildi deb aytolmaydi hech kim. Buni biz qabul qilmaymiz. Shuni men bir eskartib qo'yaydim. Yana birisi bu yerda albatta ishkil apandilarning vaqtinlar bak qiz, shunga amal bor, mening nurg'un savollarim bor, andan keyin qayndoshim nurg'un savollari bor, shunga amal bor bo'lsa javoblarni bir yig'inchoqlab o'tsak. Abay Mehmet To'xta apandim deb o'tgandek, shu Dünya Uyg'ur Qurultayi birdan bir vakili deb aytibdi. Siz savolni qo'yibsiz, amsa siz sizlarni Dünya Uyg'ur Qurultayi vakillik qilmasa, sizlarni kim vakillik qildi deb aytdingiz. Ammo bu yerda bo'layotgan shikoyat bo'lsa, bu yerda Dünya Uyg'ur Qurultayi bir demokratik bir saylam bormidi deb bir shikoyat bor. Buningga bir aniqlama bergan bo'lsanglar. Rahmat. Shu rahmat, yana ko'p rahmat Arslan. Demokratik saylam bormidi degan nimaga beradigan javob, biz endi tunji qitim bir o'zgarish olib keldik. Haqiqatan demokratik shu Dünya Uyg'ur Qurultayining o'zining tarixida eng demokratik saylamni mencha o'sha o'tgan yili 11-oyda o'tkazdik. Ya'ni Dünya Uyg'ur Qurultayi o'zining bag'rini hammalarga ochdi. Har qanday odam bu Dünya Uyg'ur Qurultayiga vakillik nomzod bo'la oladi, vakil bo'la oladi dedik. Uningdikizda nurg'un davlatlarda erkin saylam ilib berib, uningdikizda bu saylamni naq maydondan ko'zitib turib va nima Dünya Uyg'ur Qurultayining saylamini naq maydondan bütün vatandaşlarımız ko'rdi, xalqimiz ko'rdi. Demokrat hech kimga besim qilgani yo'q, nima qilgani yo'q. Shu shaklda bir saylam ilib bordik. Albatta bu bir tunji bir tajribadir bizning Dünya Uyg'ur Qurultayi uchun. Har qanday cho'ng davlatlardami bu saylamda nurg'un kamchiliklar bo'ladi. Biz demokratik saylam ilib bordik, buni mukammal bir saylam ilib bordik deb dalanmaymiz. Gerçi bizning uchun hozirgacha ilib borgan saylamlar ichida eng mukammali bo'lgan bo'lsa-mu, albatta butunlay bütün demokratiyaningki bütün qoidalarini rioya qilgan holda hech qanday kamchiliksiz ilib borgan bir saylam diyolmaymiz. Chunki har qanday cho'ng davlatlarda demokratik saylamlar o'tkazilgan chog'da nurg'un munozaralar bo'ldi. Uningki xatolikları, o'tkazilgan xatoliklar, kamchiliklar u yerda so'zlandi. Shunga o'xshash, albatta Dünya Uyg'ur Qurultayining bu saylami tunji demokratik saylam bo'lgandiki, ba'zi xatoliklar bo'lgan bo'lishi mumkin. Buni biz qabul qilamiz, ammo o'zimiz bu nurg'un nimalarga uchirdik, ya'ni qiyinchiliklarga, o'zimiz kutmagan ahvollarga duch keldik. Çünkü bundaq demokratik saylamni burun ilib bormag'ashqa, tunji qitim bir ilib borg'ashqa, bundaq biz dedik hatta yaxshi bo'pti bu shundaq qilganimiz, chunki bo'lmasa bundaq xatoliklarni, bundaq nimalarni biz ko'rolmaymizki, o'sha demokratik saylamni boshlaganligimiz uchun ma nimalarni biz ko'raldik,
kelerki nimelerimizde, saylamlarımızda mandak kılıp bunu tüzetsek bolu digen neticeler, hulaslarını kolu keltüdük. Ama bizning hamda nimada Uyghur davası da şu netçe 10 yıllık davada bu tunci ilip verilgan bir demokratik saylamti ve şunun için biz bunu galbilik ilaka ayaklaştırganlığımız için naiti ilaka özümüz memnun bunundan hursan. Elbette diyeleydi kırındaşla bayan biz dep ötkende fikir bireleydi. Mayarımandaq oldu. Ma bulmay kaldı dep deleleydi. Lekin kolumuzdan kelgeniçe demokratiyanın kaydı kurallarına, usullarına, tüzümlerine biz raya kılışka tırıştık. Şunun için bunu ben şu diasporada ötküzülgen hazırgıça davamız jarayonida ötküzülgen en demokratik saylam dep qarayman. Mening ishga qo'shimcha qilay. Shu chet elda qurilgan Uyg'ur tashkilotlari ichida har vaqti kelganda qarorlik saylam o'tkazib, bu saylamni uch qoldi o'tkazib, o'zining rahbarlik qatlamini saylab, ratlab, vazifaga chiqqan rahbarlarni saylam orqali bekitgan birdan bir Uyg'ur xalqaro tashkiloti Dunyo Uyg'ur qurultiyi tashkiloti. Dunyo Uyg'ur qurultiyi endi boshqalarning bu saylamini ko'rib boqmadik. Bu bir. İkincisi Dünya Uyghur Kurultayı bir şemsiye teşkilatı, yani umbrella organization deyimiz. Dastlabda bu Dünya Uyghur Kurultayı kurulganda vekillerden teşkil tapkan halda özünün kurulmasını berpa qilgan bir teşkilat emasdi. Bu Dünya Uyghur Kurultayı a'zo teşkilatlarının qatnashishi orqali shundoq vujudga chiqqan. Chunki 2004-yili bu Dünya Uyghur Kurultayı qurilganda dünyada Uyghur teşkilatlarının sani naytı sanaqlıqdı. Bu bir. Anda boğaçqa şu Uyghur davasını qıvatqanlar hemmisi öz devletede turuşluq devletede Uyghur teşkilatı qo'ygan, şu teşkilat orqali tashkiliy usulda davani elib berayotgan qarindoshlar boğaçqa Dünya Uyghur Qurultayiga a'zo teşkilat vatdi. Şu a'zo teşkilatlarning rahbarlik qatlamidan Dünya Uyghur Qurultayi shakllanib, Dünya Uyghur Qurultayi butun mush teşkilatlarning ustidagi bir shamsiya teşkilat olib shunday qilib kelgan. Endi yaqinda buni biz o'zgartdik. Buni vakillarni maxsus mush xalq saylasin degandek. Bu qarindoshlarımızdan bu fikrda çokum o'rinliq taraflar var. Yana bir jihatdan qarasak, masalan Kanadaning 2 milletvekili qurultayga bordi. Ama 2 milletvekilining nimasi his tuyg'usi ta'siroti nima desa, men hozirgi xil davlatlarni ko'rdim, mundaq bir uchuq saylam qilgan davlatlarni az ko'ramiz mushu rayonlarda, ya'ni mushu g'arb davlatlardan boshqa demakchi. Lekin qurultay birinchi qatim saylam bo'lishi qaramay uchuq shaklda shuni qildinglar, buni aytdi. Cho'ng muvaffaqiyat nurg'un davlatlar shunchalik saviyaga kelish uchun 20-30 yil saylam tarixini besib ketib, shu aran kelalaydi. Ma ta'sirotlarni biz millat vakillarining og'zidan oldik. Endi shunlashqa hozir bu qurultayning saylam masalasiga kelganda ikki nuqtaga diqqat qilamiz. Qurultayning rahbarlik heyati. Birisi bu saylamning demokratik, adil bo'lish, yana birisi tashkilotning bexatarligi. Yani demokratik bulduk, u bulduk deb hammaga ichivetsek, Xitoylarning hozir Dünya Uyghur Qurultayi emas, g'arb davlatlarining ichiga singib kirish strategiyasi bor. Buning uchun xajlayotgan puli bor. Dünya Uyghur Qurultayi vayron bo'lsa, Uyg'ur davosi vayron bo'ladi yoki mushu saviyaga kelgidek bir tashkilot qurilib, mushakka 15 yil vaqt ketdi. Xitoy buni biladi. Shunlashqa Dünya Uyghur Qurultayida saylam nimasini e'lon qilingan ba'zi cheklamalar mundaqli kallidan mana o'tirg'i tashlab qo'ygan fikrlar emas. Qurultayning Uyg'ur davosining bexatarligini o'ylab, ham demokrasiya bo'lsin, ham erkin saylam bo'lsin, hamda kandidatlarga belgilik shartlarni qo'yaylik. Xitoyning tashkilot ichiga singib kirib, ichidan tushiritish, ichidan sisitish, ichidan buzish tashkilotni vayron qilish hiyla mikrosini oldini olaylik deb ba'zi tadbirlar o'tirib qo'yilgan. Ularni o'tirib qo'yish qandaqdir xato emas. Har qanday davlatning saylam komitetlarining kandidatlar qo'ygan belgilik nimasi va shartlari bor. Endi biz hammaga tarqab yashaymiz. Dünya Uyg'ur Qurultayining odamlarni birdan bir oq ko'rinishini tekshirib bunaqa qilgan bir ichki ishlar bo'lim bo'lgan bilan bu har bir vakillar o'stirayotgan davlatning qonuniga tabi.
Dünya Uyghur Kurultayı'nın sakçısı yok. Apırıpla Ömer Kanat'ın işkini çekip sen bana kıpsa deydiğen. Ona kılanmayımız. Her bir devletlik yaşayatkan karindaşlarının şu devletinin kanun temin kıygan özlerinin hak hukuku var. Şu sebepten bexatarlik meselesini mi qarindoshlar yaxshi o'ylash kerak. Ya'ni kichikgina yani yo'chib qo'yib qo'ysa, hozir Xitoyning bu chet ellarda qanday faoliyat qilayotganligini nurg'un davlatlar shikoyat qilyotdi. Nurg'un davlatlar o'zining ichiga singib kirgan Xitoyning odamlarini tozalayotdi. Bunda sharoitda bexatarlik meselesini mi o'ylashib turib qilmasak, bu da'vo bir kunlik da'vo emas. Taki vatanimiz ozod bo'lguncha bu tashkilotlar kuchli holda mevcut bo'lib turish kerak, funksiyasini davomlashtirish kerak. Shunlashqa bu yerdagi tangpungliqni tangishimiz kerak. Hem demokratik, hem adil, yana bir jihatdan tashkilotning bexatarligi. Mana bu nazardan uzoq qilmaslik kerak. Rahmat aka. Albatta bu yerda asli o'zimning savollarim bak chiqdi, lekin men bu nurg'un ko'rmanlar bor, shu ko'rmanlar orasidan bir savol og'im keldi. Çünkü onda da ancha muncha savol olamiz deb albatta naq maydondami ba'zi qarindoshlarimiz telefondami qaytilgan bo'ldi. Endi az önce abay masalan Mehmet To'xta bandim siz dediniz bizning g'oyamiz Sharqiy Turkistonni qurish degandek bir qarindoshimiz yozibdi u yerda sizlarning asosiy qonunlaringda shu hech qachon Sharqiy Turkistonni quramiz, unda gap yo'q, nizomnomalarda degandek shu savol tushibdi. Buningga bir javob bergan bo'lsanglar rahmat. Men boshlayman Ömer. Siz başlayın. Siz imkonsiz. Siz başlayın. Dünya Uyghur Kurultayı chet elda qurilgan tashkilot. Bu savolga qarindoshimizning savoliga javob berish uchun 2004-yili qurultay qurilgan nimani bir o'ylashimiz to'g'ri keldi. 2001-yili 11-sentabr voqeasi yuz berdi. Shuna bilan Xitoy birdan-birga biz Sharqiy Turkiston terrorchilaridan qurboni deb 2002-yili 12-oyning 15-kuni 4 Uyg'ur tashkilotini xalqaro terrorist tashkilot tizimligi deb e'lon qildi. Buning ichida Sharqiy Turkiston ozodlik harakati bor. Anadan keyin Sharqiy Turkiston uchur markazi bor Germaniyada. Dünya Uyg'ur yoshlar qurultayi bor va shunga o'xshash. Endi 2004-yili Dünya Uyg'ur qurultayi qurilgan mezgil xalqarada o'sha xalqaro terrorizmga qarshi harakat toza avjiga chiqayotgan, Iroq, Afg'oniston urushlari davomlashayotgan, Xitoyning shundan foydalanib Uyg'ur tashkilotlarini, Uyg'ur faoliyatchilarini terror tashkiloti, terrorchilar deb dunyoga tashviq qilayotgan bir mezgil. Shunday sezgir mezgilda bu Dünya Uyg'ur qurultayi 2004-yili qurildi. Endi Dünya Uyg'ur qurultayi qurilganda biz shuni his qilgan narsamiz shu. Shu Xitoy e'lon qilgan 4 tashkilot ichida Sharqiy Turkiston ozodlik harakati bilan Sharqiy Turkiston islom markazi degan ikki tashkilot hech qanday yerga tizimlamagan bo'lg'achqa o'sha Xitoyning ular ustidan atgan bo'htoniga qurbon bo'lib ketdi. Ularni oqlaydigan odammi chiqmadi yo o'zlari bir narsa deyamadi, shu qalpoq shu bo'yi chiqib qoldi. Ta hozirgacha shu qalpoqning ta'sirlari matbuotlarda turadi. Yana ikki tashkilot shu Xitoy o'xshashli terrorist tashkilot deb e'lon qilgan, birisi Dünya Uyg'ur yoshlar qurultayi, birisi Sharqiy Turkiston uchur markazi. Bu ikki tashkilot Germaniyada edi. Bu ikki tashkilotni Germaniya Xitoydan so'radi. Bu ikki tashkilot Germaniyada qonunliq tizimlangan tashkilot. Bularning nima qilayotganligini bilamiz. Sizlar buni terror tashkiloti debsizlar, qo'linglarni isbotla. Yana bu ikki tashkilot o'zini aqlimidi? Germaniya hukumatı Xitoyga nisbatan ikki tashkilotni Germaniya hukumatı aqladi. Chunki bu ikki tashkilot Germaniya tizimlangani uchun. Endi nima deb bu tizimlatish degan gapni tilga olaman. Buning sababi shu. Agar bizning tashkilotlarimiz bir davlatda qonuniy yo'sinda tizimlanib, shu davlatning belgilik nazorati va shu davlatning qonuniy kuzatishini qabul qiladigan bir nimaga bo'lmasa, Xitoy xohlagancha o'ynaydi. Bu tashkilotlar xohlagancha narsani atadi. Dünya Uyg'ur qurultayi shunlashqa Germaniya tizimlatdi. Germaniya tizimlatganda davlatlarning jamiyat qonuni var. Yani Türkiye'de dernekler yasası deydi. Her qanday davlatlarda ommaviy tashkilotlar yoki siyosiy xarakterli tashkilotlarning tizimlashda belgilik qo'ygan o'lchamlari var. Endi bizning nizomnomada o'z taqdirini o'zi belgilash degan bu prinsip o'tirib qo'yildi. Endi nurg'un qarindoshlarning kallasida bu o'z taqdirini o'zi belgilash degan narsa mustaqillik emaskan deb mundaq tarjima qilindi. Halbuki 1960-yili Birlashgan Davlatlar Tashkiloti qabul qilgan
mustamlika millatlarning mustaqilligini garantiya ostiga ilish degan bir ahdnomasi bor. Shu ahdnomani qabul qilgandan keyin 80 dan ortiq davlat o'z taqdirini o'zi belgilash yo'li bilan mustaqil bo'ldi. 82 go deymi aniqsan. Shunglashqa bu o'z taqdirini o'zi belgilash meselesi, yani İngilizce self determination degan so'z bir qonuniy atalg'u. Qonuniy atalg'u. Mustaqillik deganimiz bir siyosiy atalg'u. Biz nizomnomalarda belgili qonuniy tartib bo'yicha ma'nodan bo'lgani uchun hech qanday hozirgacha hech qanday Uyg'ur tashkiloti nizomnomasiga Sharqiy Turkistonni mustaqil qilaman deb hech bir davlatdan o tizimlatanmaydi. Agar tizimlatgan tashkilot bo'lsa, shu nizomnomasini biz ko'rsatsa bo'ldi. Rahmat Mehmet To'xta efendim. Belki Ömer Kanat efendim bu binası ketiş mümkün. Lakin abay mesela self determination degan kelimeni çıkardınız. Bir yerde talaş tartışıp mesela internal yani içki self determination içki meselelerge analize external yani dışkı karab durup siyasi meselelerge ketilmazlık. Bunun bir açıklama versiniz rahmet. Bu external internal self determination degan bir option yoki bir tanlashlar bo'ladi. U birisiga nima qilgan tangan bir nimalar emas. Lekin Birlashgan Davlatlar Tashkilotining o o'z taqdirini o'zi belgilash masalasi 1960-yili 15-14 nomerliq Birlashgan Davlatlar Tashkilotining bir nimasi bor. Agar shunda men ekrandan share qila olsam, shuni qarindoshlarga nima qilsam bo'ladi? Share screen qilib, share screen men agar qila olsam, qila oladigandak-mi qilaman? Qila olasiz. Share screen qilsangiz men miyada chiqara olaman inshaalloh. Qani men share men qilmoqchi bo'lganim mashina share qilmoqchiman. Siz o'zingiz ekronni endi xohlagancha o'ynatsangiz bo'ldi. Men stop share. Shu nimani topolmadim da videoni emas, Okay. share screen. Belki de hazır Ömer Kanat efendim belki siz Men aldırmak gap nima qilib turay, men kichkina mush to'g'risida buldu. bu yerda yana birisi hozir man qaranglar. Bu bizning ba'zi qarindoshlar nimalarida Sharq Turkiston tunji navbatlik Sharq Turkiston milliy qurultayini tilga oldi. Mushu milliy qurultayninki hatto yo'qolib ketishigimi Dunyo Uyg'ur qurultayining ya'ni chiqishi shuning yo'qilishiga sabab bo'ldi degandek nimalarni o'ttirga atdi. Shundaq nayta hayvatlik ichildi. Tunji navbatlik Dunyo Sharq Turkiston milliy qurultayi. Onun da memma ba şu kurultayının kelimesi, teşkillenişidim ba, Mehmet To'xta efendim ba, biz şu kurultayı katnaştık, hatta o kurultaydı ben Tashqi Munosabatlar Komitetininki müdiri bolup saylandım. Ama nim bo'ldi? Nimishki bu o'zininki nimasini joriy qildiranmadi? Maqsadlarini, nima uchun hech bir harakat qilinmadi? Bunimi deb. Chunki shu hatta bunun rahbari var. Mesela Milli Kurultayımızdaki rahbari Ahmet İgamberdi efendim Avustralya'da. Şarkı Türkistan Milli Kurultayı'nınki reisi. Bu kurultay kurulgandan keyin her taraftan çeklimeler üyede oturup koyuldu. Bu kurultayını hatta şu çağda hareket kıldırış için nurgun tırışçallıklar gösterildi. Üyedeki şu icraiye komitinin reisi olup saylangan qarindoshimiz boshqa rahbarlar buningki bir rasmiy bir qurultay sifatida harakatga o'tishi, milliy da'voyimizni yuksak yerlarga chiqish uchun tirishchilik ko'rsatildi. Ammo bu nima mumkin bo'lmadi. Mumkin bo'lmasdan keyin anaqdaganda bir jamiyat quringlar dedi. Bu qurultayni bundaq Sharq Turkiston milliy qurultayi deb faoliyat ilib borolmaysizlar. Buni bir dernek ya cemiyet namıdan buluş gerek deb hatta şu keyin kurulgan Sharq Turkiston Hamkorlik Cemiyeti mushu qurultayninki asosliq maqsadlarini amalga oshirish uchun qurildi. Ama nurg'un to'sqinlar natijasida faoliyat qilinmay qoldi. Hozir u dernek hozir bormi yo'qmi men bilmayman, lekin bu nima amalga oshmadi. Mushu nimalardan biz ders oldik. Demek ki bu manimelerge göre
mandaq qilib harakat qilish mumkin emaskan. Shuningga bu strategiyani biroz o'zgartirish kerak ekan. Lekin xalqimizningki g'oyasidan, maqsadidan hech qanday taviz bermay turib, hech qanday nimadan voz kechmay turib, buni til nimasida o'zgartirish akirish orqali davlatlarda qonuniy bir shaklda harakat qilish imkoniyatiga ega bo'lamizkan deb, bu ham Mehmet To'xta apandim degandek, buningda o'z taqdirini o'zi belgilash degan nimani o'tirib qo'ydik. Shu chaqda nayt qiyinti, haqiqatan ya'ni biz uning bilan qanchalik mujodala qildik, qanchalik kurash qildik, shu terrorchi, terrorist degan nimani o'zimizning ustidan atimiz deb, bu yerda biz so'roq tortilgan vaqtlarimiz bo'ldi. Berib Mehmet To'xta apandimi batdi Amerika tashqi ishlar ministrligida nayt ularga nima tushuntirish berganimiz bo'ldi. Hatto biz u yerga chaqirildik. Berib o'zimizningki nimasini aqlash uchun. Biz bu terrorchi tashkilot emas, biz bu terror bilan hech qanday aloqamiz yo'q deb. Chunki Xitoy 4 tashkilotga bir tashkilotni qabul qildi. Agar shunday jiddiy kurash bo'lmagan bo'lsa, balki bizning boshqa tashkilotlarni shu terrorlik tizimligining ichiga olib kirishi mumkin. Lekin mishadiki nayti kuchli tirishchanlik, nayti çekilgen jafolar, manga yo'llar orqali bu dunyoga tushundirdik. Ya bu qanday gap? Bu Sharq Turkiston ozodlik tashkilotini shu terrorlik tizimligiga kirgizish nimasi Xitoyning nayti besimi batdi cho'ng davlatlarga. Mushlarning hammasini sizlar terrorlik tizimligiga kirgizsizlar deb. Biz shu tirishchanligimiz bilan bularninki hatto oldini ip qilishda buni cho'ng rol o'ynadik. Shu mezgilda bu Dünya Uyghur Qurultayı quruldi. Şunu Dünya Uyghur Qurultayı şu davlatlarda o'zini qabul qildirish uchun shundaq bir til ishiltishi mumkinti. Mecburti shunda. Ama bizninki Munih xitobnomamiz var. Sharq Turkiston Dünya Uyghur Qurultayı'nınki Munih xitobnomasi var. Munih xitobnomasida bizandikin bu Dünya Uyghur Qurultayı'nın g'oyasininki mustaqillik ekanligi, Dünya Uyghur Qurultayı'nınki şu birinci tunji navbatlik Sharq Turkiston Milliy Qurultayı tarafidan e'lingan 13 qaror var. Şu qarorning hammasini qabul qildiganligi, shuni amalga oshirish uchun tirishilganligini biz u yerda ta'kidlab o'tdik. Boshqa bu masalada kichkina shak shubhasi bo'lganlar bizningki web saytimizga kirib, tor betimizga kirib, Dünya Uyghur Qurultayı'nınki Munih xitobnomasini bir o'qib chiqishini men tavsiya qilaman. Bu meselelerni nayti şu bazı bizge hücum kılıvatkanlar, bizge karşı turvatkan insanlar bu meselelerni nayti yaxşı düşünüdü. Bununki qanchalikininki mümkün bo'lganligini, qanchalikininki mümkün bo'lmaganligini, qanchalik bu maqsadlarimizda amalga oshirishning yo'lining nima bo'lganligini bular nayti yaxshi bilib turug'liq. Bizning qapolayotgan yerimiz bular bilib turug'liq, buningga bizga hücum qilish uchunlar, Dünya Uyghur Qurultayı'ni yamanlash uchunlar, Dünya Uyghur Qurultayı'ning obrazini xunuklashtirish uchunlar bu xalqimizni mushu shaklda so'zlarni qilib qaymoqtiryapti. Mushu nima aniq bo'lishi kerak. Chunki buni boshqa hammasi o'zi yaxshi biladi buningki qanchalik. Chunki o'qigan insonlar bor orasida hammasi bilib turib, buning bizga faqatla bizga hücum qilish uchunlar bular mustaqilchi emas, avchi emas deb mushundaq bizga hücum qiladilar. Bu biz 2004-yilda bu yaşagan buni. Mushu Amerikada biz mushu Uyg'ur Amerika jamiyati bir inidiydim nima qilgan chaqda inidiga project nimamizni sunib, proposal sunib, project oldigan chaqda shu chaqda bu hücum siz bizga shu chaqda bo'lgan. Shu chaqda bu bular avtonomiya chikan, u chikan, bu chikan deb shunda gaplar chiqdi. Gaplar chiqqan chaqda bu yerda bir akamiz batdi. Men bir nimani deb o'tayda bir hikoyani. Bu Adham Jinkam deb rahmatli vafot etib ketdi. Bizlar hammamizni yig'di. Bo'lmasa bir-birimizni taniydigan insonlar. Nurg'un vaqt birga yurgan insonlar. U nimishki bundaq arangladi bu jela chiqdi deb shunda degandiki bu yerda ya bizni bular avtonomiyachi deb da'vat etdi. Deb men shu yerda so'radim. Ya qarindishim sen meni avtonomiyachi demsen, qaysi nimaga asosan deysa,
Yani sen beni yaxşı bilirse özümüz bilir jürgen insanlar bilir. Desem ahırda bu şeyde bir çak arılar şu gapni qildi. Dedi ki endi bizmo bir nima qurayli davatimiz. Bu xalqimiz so'raydi ki bizden. Bandaq bir nima mingivatgan bir tashkilot tutsa, nimishki sen başka bir nima qurasan deb. Degandiki biz ularga bir nima deyishimiz kerakka. Shuningga biz sizlarni avtonomiyachi demakdan boshqa choramiz yo'q, boshqa bir tashkilot qurish uchun deb. Shunda degan, ya'ni ochiq oldimizda deyilgan gap bor. Hozirgi nimaning albatta bu sezgurlikka men hurmat qilaman. Mehmet To'xta efendi bilan men biraz mu'tadil bir inson, shuningga da'vatman. Bu Sharq Turkiston deyildi. Albatta Sharq Turkiston bular bilish kerakki, Sharq Turkiston masalasi Uyg'ur masalasini bilan xalqaralashyotidir. Buningki vaqti kelyotidi degandek, shu sharoitni Dunyo Uyg'ur qurultiyi yaratdi. Sharq Turkiston Milliy qurultiyini Dunyo Uyg'ur qurultiyi yo'q qilmadi. Sharq Turkiston Milliy qurultiyininki ish izlarini qo'g'lab, Sharq Turkiston Milliy qurultiyining maqsad g'oyalarini amalga oshirib, Sharq Turkiston masalasini hozir xalqaroliq bir masala. Birleşken Devletler Teşkilatı ko'ngil bo'layotgan. Dunyodagi nurg'un cho'ng davlatlar ko'ngil bo'layotgan. Cho'ng kuchlar bir araga kelgan chaqda muzokara bo'layotgan bir masalaga aylandi. Buningga xalqimiz bu yerda biraz minnatdor bo'lish kerak. Dunyo Uyg'ur qurultiyininki qaysi yo'llar bilan bu osonga to'xtagan bir ish emas. Mehmet To'xta efendim degandek nurg'un qurbonliklar bedeliga, nurg'un yo'l minishlar bedeliga, nurg'un kecha kunduz chepishlar bedeliga qo'lga kelgan bir g'alaba. Butun Sharq Turkiston xalqi uchun. Endi nima bilmayman, bizningki ba'zi qarindoshlarimiz Uyg'ur masalasi, Uyg'ur degan chog'da nimishki bu Uyg'ur kelimasidan bunchalik nafratlanadigandu deb o'ylayman. Nimishki Uyg'urga bunchalar o'chmanlik qildigandu deb. Chunki Uyg'ur hem bo'layotgan Uyg'ur, japa tortayotgan Uyg'ur, o'layotgan Uyg'ur, so'lanayotgan Uyg'ur, qirilayotgan Uyg'ur. Uyg'ur masalasini xalqaralashtirdi deb xalqimizga shikoyat qilishi bu ajoyib bir mantiqiga tushmaydigan bir nima. Bular Uyg'ur masalasini xalqaralashtiryapti. Uyg'ur masalasini xalqaralashtirmay, Uyg'ur masalasini ko'tarib chiqmay, nima masalasini ko'tarib chiqatdik? Albatta Uyg'ur masalasi bilan biz Sharq Turkistonni tashlab qo'yganimiz yo'q. Sharq Turkiston bilan birga ilib mingyapmiz. Uyg'ur ismining yuksalishi bilan Sharq Turkiston masalasi bu dunyoda yuksaldi. Sharq Turkiston hozir Sharq Turkiston degan ismni nurg'unlagan yerlarda ko'ryapmiz. Manchinchi yilda Poloniyada, Pistoniyada bir Sharq Turkiston deb yozilib qolibdi ekan deb, u nimani bizga hujum qilish uchun ishlatishi bu noytayliqi, adolatsizlik bo'ldi, insofsizlik bo'ldi. Ko'p rahmat. Men shu nuqtada endi biroz gapning o'ziga kelyapmiz mana suhbatda. Bayatın qarindashimiz so'ragan nima deb Sharqiy Turkiston mustaqilligi nizomnomada yo'q degan masala endi bir savoldan qochganda ko'p qolmasin. Shu masala haqida biroz to'g'im bor mening. Deganimizdek har qanday Dunyo Uyg'ur qurultiyidagi cho'ng tashkilot cho'qim bir davlatni tizimlatilishi kerak. Tizimlatilganda shu davlatning qonunlarining va shu davlatda mavjud bo'lgan o'sha ommaviy siyosiy tashkilotlarning qurilishiga munosabatlik tuzilgan belgilamalarining cheklamasiga uchraydi. Bu Dunyo Uyg'ur qurultiyi xohlamay mustaqillik degan so'z u yerga yozilmay qolgani yo'q. Faqat shu davlatlarning qonun tuzumining cheklamasi bilan bayatın Ömer Qanat degandek Sharqiy Turkiston Milliy qurultiyining Turkiyadan Germaniyaga ketishining sababi shu. Turkiyada mevcutluğunu saqlab qolammidik. Devlet sen mani mundaq diyemmaysan. Sen ma gapni deb ma tashkilotni Turkiyada tutanmaysan. Ya dernek olsa, jamiyat olsa, bo'lmasa taqaysa. Degani uchun 92-yili İstanbulda qurilgan Sharqiy Turkiston Milliy qurultiyi 96-yili Germaniyaga ketishga to'g'ri keldi. Bekor ketmadi u. Devletning cheklamasiga uchirdi. Endi Dunyo Uyg'ur qurultiyi qonuniy bir tashkilot. Kanuni teşkilatının nizamnaması kanun bo'yicha bo'lishi kerak. İşletilgan söz iboralar kanuni söz ibora bo'lishi kerak. Endi hammamiz mustaqillik deymiz. Biz shu kichigimizdan deb cho'ng'oldik buni. Bizning o'qitgan ustozlarimiz bizga shunday o'rgatdi 80-yillardan boshlab. Bizning hujayarimiz, qon-qonimiz mushuni bilan to'lab tashdi.
Endi hazır okudık, chet elga chiqdik, ba'zi narsalarni ko'rdik. Mustaqillik bir natija, bir siyosiy so'z. U qonuniy bir so'z emas. Mustaqillik huquqiy yoki inglizcha independence right deb bir qonun bo'lmaydi. Hech kim anglab boqmagan. Xitoycha bilganlarga Duli Chuan degan bir narsani Xitoycha o'qiganlar anglab boqmaydi yani. Unda so'z bo'lmaydi. Chunki mustaqillik bir huquq emas. Mustaqillikning qonuniy atalg'usi İngilizce sovereignty, egemenlik huquqi. Uyg'urcha o'ziga o'zi ega bo'lish yoki egemenlik, o'z-o'ziga xo'ja bo'lish huquqi. Bir millat egemen bo'lganda, o'z-o'ziga xo'ja bo'lganda shu mustaqil bo'lgan bo'ldi. Shunlashqa mustaqillik natija u. Endi bir millat o'z-o'ziga xo'ja bo'lish, o'z egemenligini jakalash, yani mustaqillikni iborat bir natijani barpo qilish uchun qanday qilish kerak? Birinchi qadam, ayada biz qabul qilaylik, qilmaylik, mustamlak qilingan, besilingan bir zamin va u zaminning egasi xalq bor. Bu xalq ma besilingan, ma qonunsiz hukmronlik qilayotgan ma davlatni men qabul qilmayman. Bu davlatdan men siyosiy buyruq olmayman. O'zimning siyosiy taqdirimni qandoq yashayman, qandoq şu o'zim turayotgan ota bobomdan qolgan meros qolgan bu zaminni qandoq boshqaraman, buning qarorini o'zim beraman degan bir nuqtaga kelish kerak. Buning o'zini self determination deymiz. Yoki o'zining taqdirini o'zi hal qilish degan gap. Men misol bilan deb beray. Kosovo hammamiz bilamiz. Oldi bilan Kosovoliklar yoki bo'lmaydi, Qrimdan misol olay. Ukraynaga tabatdi Qrim. Qrimliklar Rusiyaning belgili qo'li bor. Men faqat o siyosiy tarafga kirmayman, faqat jarayon qilam kirmay bu yerda. Men deganim jarayon bilan munosabat. Bundan boshqa bir xulosalar chiqolmasin. Qrimliklar mayli uning keynida qanday kuch bo'lsin, Rusiya bo'lsin, o'si bo'lsin, bir to'plandi Qrim nimasida bir o'z taqdirini o'z belgilaydigan bir qaror oldi. Yani ben Ukrayna'dan emir almayman, bundan keyin har qanday ishni o'zim qilma deganligimda. U nuqta kelgandan keyin ikkinchi bosqichda yoki o'zining egemenligini e'lon qiladi, ya'ni sovereignty e'lon qiladi, mustaqil davlat bo'ladi. Unda qilmadi. Men Qrimdan emir almayman, bundan keyin ishlarimni Rossiya bilan qilaman. Bu tanlash, o'z taqdirini o'z belgilash, qandoqdi boshqalar degandek bir avtonomiya ya u ya bu emas. Öz taqdirini o'z belgilash degan gap bir tanlash huquqi. Millatlarning tanlash huquqi. Buning ichida to'liq mustaqillikdan boshlab eng to'van madaniy avtonomiyagacha yoki uningdan to'van bu shu ijtimoiy qabila asosidagi o'zining urf-odatlarini joriy qildirishni talab qilishni iborat. Mush narsalarning hammani o'z ichiga olgan tanlash huquqi. Xohlagan birini tanlash huquqi. Agar Dünya Uyg'ur qurultiyi bu masalaga ching esilishning sababi 1960-yılı Birleşken Devletler Teşkilatı qabul qilgan 15-14 nomorluq qarornoma var. Bu qarornomaning mavzusi mustamlik qilingan davlat va millatlarning mustaqilligini garantiya qilish haqida chiqarilgan. Mush ekronni agar men hozir nim qilyapti share qilgan bo'lsam, va ingliz biladigan qarindoshlarga men bosh qismi Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and People. Bu 1960-yılı 14 dekabr günü ilingan 15-14 nomorluq Birleşken Devletler Teşkilatı umum nimsi. Ma başlık kısmı umum prinsiplerini deydi. Bu karar qaysi asaslar boyunca ilindi deydi. Anadaki kararını tekkelsek, declares deydi. Şunu ilan kıldı ki, meye qarsak alien subjugation, domination, exploitation, bunun için nurgun başka neslen var keyinki hüccetlerde. Moşunda galet qilib qolgan millatlarning o'z taqdirini mana right to self-determination, all people have a right to self-determination deb eng oxir kelganda all states shall observe faithfully and strictly the provision of charter deb mishada davlatlarning mustaqilligini mana respect for sovereign rights of all people deydi. Anadan keyin miyada hech qanday bir iqtisodiy, ijtimoiy va bir narsalarni bahona qilib davlat bu rayonlarning mustaqilligini kechiktiradigan 3-modda qarasak,
bir millatning yoki besimlanganning mustaqilligini kechiktiradigan bahona qilib ishlatmaslik kerak deydi. Bu yerda Birlashgan Davlatlar Tashkilotining bizga ta'minlab bergan bir qonuniy asosi bor. Bu yerda ishlatilgan tilmi o'z taqdirini o'zi belgilash orqali millatlarning mustaqilligi. Dal mushu narsa, mushu Birlashgan Davlatlar Tashkilotining o'sha resolution aslida bu e'lon qilingandan keyin 82 davlat dal mushu o'z taqdirini o'zi belgilash yo'li orqali mustaqil bo'ldi. O'z taqdirini o'zi belgilashi yoki inglizcha self determination bu Birlashgan Davlatlar Tashkiloti tarafidan o'sha bizga o'xshash millatlarga berilgan bir haq. Buni Xitoy hukumati qabul qilgan. Shunglashqa ma'ning bilan, qonuniy asos bilan biz o'sha Dunyo Uyg'ur qurultayini tizimlashda nurg'un davlatlar millatlarning o'z taqdirini o'zi belgilash huquqini Birlashgan Davlatlar Tashkilotida qabul qilgani uchun o'zlarining bu Birlashgan Davlatlar Tashkilotida qabul qilgan bu hujjatni o'zining ichki qonuniga moslashtirib, o'zlarining ichki qonunlarini tanishgani uchun shu qonuniy asos bilan qurultayning nizomnomasi kirilgizilgan so'z o'z taqdirini o'zi belgilash. Bu o'z taqdirini o'zi belgilash masalasida o qarindoshlar ba'zilar buni suiiste'mol qilib, bu avtonomiyatni, o'tdi o ichki o'z taqdirini o'zi belgilash, o sirtqi, u ayrim masalalar o. O ichki internal, external degan o davlatlarning o'zining chiqarib olgan ba'zi nimalari bor. Masalan, shu bo'libmi bu ichki va tashqi o'z taqdirini o'zi belgilash masalasi bu necha vaqtdan beri talash tortish qilayotgan indigenous people degan yerli xalqlarga munosabatlik holda o'tirib qo'yilgan narsa. O Dunyo Uyg'ur qurultayi hozirgacha bu Uyg'urlarni yerli xalq yoki yer haqida bir bayonot yo'q. Dunyo Uyg'ur qurultayi bu ishlarni muzokara qilganimi yo'q. Dunyo Uyg'ur qurultayi bularni bir kun tartibiga olganimi yo'q. Hozir Dunyo Uyg'ur qurultayini qilayotgani boshqa bir ish. Biz 1,5 yil oldi. Dunyo Uyg'ur qurultayi o'sha xalqaroliq bir o'sha xalqaro qonunni yaxshi bilgan advokatlarga hozir $60,000 dan ko'p pul xarjlab bo'ldi. Sharqiy Turkiston mustaqilligining qonuniy asosini barpo qilish uchun xalqaroda qanday qonuniy yo'llar bor bizga. Xitoy qaysini imzo qilgan, qaysi qonuniy argument deb qo'yamiz inglizcha. Mushu qonuniy asoslarni tutish Sharqiy Turkistonning mustaqilligi uchun eng foydali. Shunlashqa bizning qilayotgan ishimiz bu hozir bo'layotgan talash tortishdan olib ketgan ishlar. O Dunyo Uyg'ur qurultayi bu yerdagi bu indigenous masalasi haqida bo'layotgan talash tortishlardan yoki shu talash tortishlar sababli o'tirib qo'yilgan internal, external u masalalar emas bizning talash tortish qilayotganimiz. Uning ustida Sharqiy Turkistondan iborat shu Xitoy tarafidan munqariz qilingan davlatning mustaqilligini asliga keltirishning qonuniy asosi. Bu yerda ham xalq bor, Uyg'ur xalqi va Qozoq xalqi, Sharqiy Turkistonning egalari ham zimin bor. Mayadagi boshqa qarasak, o'sha Birlashgan Davlatlar Tashkilotining 15-14 qarorida xalq va nation, davlat va xalq nimasini tang olgan, ya'ni munqariz qilingan davlat va xalqlarning mustaqilligini kafolatga qilish. Shunlashqa Dunyo Uyg'ur qurultayining hozir qilayotgan nimasi dal o'zining nizomnomasidagi xalqaro qonunga uyg'un Xitoyni xalqaro qonunda bir tutalaydigan, Xitoy o'zi imzo qo'ygan, Xitoy o'zi qabul qilgan shundaq vositalardan, qonuniy vositalardan foydalanib Sharqiy Turkistonning mustaqilligini asliga keltirishning qonuniy asoslari va shu bo'yicha xalqaro qonunda Xitoyni qistash masalasi. Shunlashqa Xitoyning yaqindan buyon Dunyo Uyg'ur qurultayi qo'l keltirgan bu qonuniy muvaffaqiyatlardan keyin chiqishib ketishning sababi shu. Bu masala kelganda qarindoshlar biroz tushunmay turib, undaq bir narsaga undaq chaqqan nima xulosa kelsa to'g'ri bo'lmaydi. Oldi bilan buni tushunish kerak. Rahmat javob berganingizga. Men program oxiriga to'g'ri ancha-muncha savol olman degandim, lekin bir qarindoshimiz navbatda saqlab ketdi. Qan qarindoshlar o'tinmay men biroz saqlab tursanglar, birdan-bir olmay inshaalloh. Hozir bir qarindoshimiz qaytilibdi. Qarindoshim o'zingizni ismingizni deb o'tib, aniga savolingizni so'rasangiz bo'ldi inshaalloh. Bo'ldi. Assalomu alaykum qarindoshlar. Men nayt yaxshi suhbat bo'ldi. Bo'libmi Dunyo qurultayining a'zolarining xalqlar yuz ko'rishib
bu kadar bir sosyal medyada 100 tane paylaşımlarını ait doğru gördüm. Benim Mehmet Oktay Efendi bir sualım vardı. Ötkende Dünya Uygur Kurultu'nun reisi Dolkun Aysel Efendim Amerika'daki halkla söhbet ipağı vaxtida özünün indigenous people toğırlıq bu göz qarashının şəxs özünün xatıb edib qaraydıqalığını degan. Ama Mehmet Oktay Efendim 700 növbətlik Dünya Uygur Kurultu'nunki yığın zalda soralğan sualға, yani indigenous people toğırlıq soralğan sualға indigenous people'ның mustaqil hukuk badib cevap verdi. Bir yerde bir kaymuk kuş var biz halklara nispeten. Bunun bir cevap verirkenimiz reisinin doğru mu ya ki sizin anlamıştım bu cevap vergen bulsunuz rahmet. Ko'p rahmat. Sual so'ramizda. Samimiy savolingiz uchun. Bu indigenous masalasi yoki yerli xalq masalasi 1925-yili shu vaqtlarda Birlashgan Davlatlar Tashkiloti yo'q. Shu Jenevada League of Nations deb, ya'ni Davlatlar Birligi degandek bir hozirgi Birlashgan Davlatlar Tashkilotining nihoyat ibtidoiy bir shakli bor. Shu yerga Amerika va Kanadadagi yerlik millatlar va Avstraliyadan birlashtirib shu Jenevaga ko'tarib borgandan boshlab hisob qilganda bu 100 yilga yaqin bir jarayon. Shunday kurash qilish natijasida 2007-yili men agar tarixida bir kun ay yillarda xatolashib qolgan bo'lsam keyin qarindoshlar tuzaltib olsa bo'ldi. 2007-yili 9-oyning 13-kuniga deyman. Shunday 100 yilga yaqin kurashlardan keyin Birlashgan Davlatlar Tashkiloti uzun yillik tadqiqot, uzun yillik izlanish natijasida yerlik millatlarning haq-huquqini huquqi masalasida bir declaration yoki bir jakarnoma e'lon qildi. Bu jakarnoma dunyodagi butun ma'lum bir yerlik millat qartilgan emas, yoki Kanadadagi yerlik millat yo Amerika, Avstraliya qartilgan emas, butun dunyodagi ota bobosidan meros qolgan tuproqlari bo'lgan, lekin bu tuproqlari tashqi kuchlar tomonidan besilingan, shu besilish jarayoni natijasida bu asli bu tuproqni egisi bo'lgan bu xalqlarning milliy mavjudligi tahdidga uchrab yo'q bo'lish girdobida qolib qolgan. Shunday qiyin sharoitda shu vaziyatni o'nglash uchun bu xalqlarning haq-huquq masalasi haqida bir jakarnoma e'lon qildi. Endi bu jakarnoma 2007-yil 9-oyning 13-kuni Birlashgan Davlatlar Tashkilotida ovoz qo'yilganda 143 davlat uni qabul qildi. Xitoy buning ichida. 4 davlat qarshi turdi. Amerika qarshi turdi, Kanada qarshi turdi, Avstraliya qarshi turdi, Yangi Zelandiya qarshi turdi. Amerika, Avstraliya, Yangi Zelandiyaning nima deb qarshi turganligini men bilmayman. Lekin o'zim turayotgan Kanadaning nima deb qarshi turganligini bilmayman. Chunki u 2007-yil 9-oyda yerlik millatlarning haq-huquqlari haqida e'lon qilgan bu jakarnomada yerlik millatlarning o'z taqdirini o'zi belgilashdan iborat haqlarini to'liq ularning haqlarini qaytarib berish, ular ega bo'lgan butun boyliqlarni ularga o'tkazib berish, tabiiy boyliqlarni nurg'un moddalar va 46 moddalik bir cho'ng bir jakarnoma bu. U jakarnomaning bir moddasining bir so'zdilam iliblar uningdan xulosa chiqaradigan bir narsa umumiy tekstga qarash lozim. U jakarnomaning umumiy ro'yiga qarash lozim. Lekin shunday bo'lsa-mu, Kanadaning uning qarshi turishining sababi Kanada yerlik millatlar bilan keyingi 100 yillardan buyon har xil shaklda shu yer boyliqlarini ichish yoki o'zining territoriyada yashayotgan yerlardagi haq-huquqlari masalasida nurg'un to'xtamnomalarni tuzdi. Endi bu 2007-yildagi Birlashgan Davlatlar Tashkilotining jakarnomasi butun yer boyliqlarini ular qaytarish u bu degandan keyin Kanadaning nima qilgan o'tirib qo'ygan nimasi mening bular bilan hozirgi tuzgan nurg'un to'xtamnomalarim bor. Hamma narsa beka olib ketsa, men qaytadan noldan boshlaydiganga to'g'ri kelsa, bu biraz nima bo'lib qoladi? Butun shu Kanadaning hozirgi bo'lgan butun sistemalari nimaga uchrab qalaymi qanchalik chiqadi deganni nima qilib imzo qilmadi va undan keyin nurg'un 3-4 yil buni o'rganib, eng oxiri Kanada qabul qildi. Qabul qilish jarayonida Amerika va 3-4 davlat birlashib ba'zi shu bo'lib 46-moddasiga shu yerlik millatlarning haq-huquqi masalasida ba'zi qo'shimcha o'zlarining nimalarini kirgizib turib, buni qabul qildi va ijro qildi. Endi yerlik millatlarning mustaqillik huquqi bormi yo'qmi masalasida men tashkilotlardan yoki nimadan qaralib shu qonun bo'yicha qarayman. Yerlik millatlar yoki indigenous people, agar people bo'lgani uchun people degan xalq deganga. Birlashgan Davlatlar
koloni yoki mustamlikasida qolgan millatlarning mustaqilligini garantiyaga ilish degan qarornomasi bor 15 nomer. Uning o'xshash nurg'un xalqaro qonundagi nimalar bor. Yerlik millat inson bo'lgani uchun, shu dunyo jamoatining tarkibi bo'lgani uchun bularning o'z taqdirini o'z belgilash huquqi bor. Bu mustaqillikni o'z ichiga oladigan huquq. Shunglashqa, masalan, Kanadadagi yerlik millatlarning mustaqilligi yo'q, nimasi yo'q degan gap quruq gap. Hech qanday yerlik millatlar men mustaqil bo'laman desa, uningga biroz qiyin sharoit bo'ladi, kurash bo'ladi bizga o'xshash. Ammo uni to'sib oladigan bir kuch yo'q. Masalan, Kanadaning Quebec degan viloyati ikki qatam referendum o'tkazdi men mustaqil bo'laman deb. Kanadada bir to'sib oldimi? Bu Quebecga huquq yerlik millatlarga yo'qmi? Ularning uch territoriyasi hozir. Ular mustaqil bo'lmagan desa Kanadada to'sab qolgan hech qanday kuch yo'q. Shunda yerlik millatlar mustaqil bo'lolmaydi degan gap nima? Endi qurultoy raisimiz Dolqin Aysoqov bergan bayonoti ashada aniq dedi. Mening shaxsiy ko'z qarashim. Mening shaxsiy ko'z qarashim mundaq dedi. Dunyo Uyg'ur qurultoyi nomidan gap qilmadi bu yerda. Shunglashqa raisimizning shaxsiy ko'z qarashiga hurmat qilamiz. Mening qurultoyda degani men qurultoyda shaxsiy fikr bayon qilmadim. Faqat ayadi deyilgan yerlik millatlarning mustaqilligi yo'qkan deganga onda degan ish yo'q. Yerlik millatlarning mustaqilligi bor deb yer uzun gap qilmadim. Hozirgi asoslarni tushuntiradigan vaqtim bo'lmadi. Buni hozirgi asoslar bo'yicha yerlik millatlarning mustaqillik huquqi bor. Endi mening shaxsiy ko'z qarashim bor. Lekin Dunyo Uyg'ur qurultoyining yerlik millatlar haqida hozirgacha ya biz Uyg'urlar Sharqiy Turkistonlarga yerlik millatda emasdi bergan hech qanday so'z yoki yozma shakllik bir bayonot yo'q. Dunyo Uyg'ur qurultoyi hozirgacha bu masalani ijtimoiy taratqulardagi talash tortishlar bak evjik chiqib ketgan o'xshaydi. Bir qatimmi kun tartib muzokara qilgan masala emas. Qurultoydan men shuni dedim. Mana Ömer Qanot bizning ijroiy raisimiz turibdi. Bu masala muzokara qilingan masala emas. Hozir qurultoyning muzokara qilayotgani uningdan hal qilgan masala. Buni men eskartib qo'yay. Rahmat sizga. Boshqa bir temaga o'tsak, boshqa qo'shiladigan gap bo'lmasa, chunki bir nimani Arslan bir nimani men davatay mushu naytaylik mushu ijtimoiy taratqularda yurgan gaplar bor. Ba'zilar chiqib hatto nima so'zlagan insonlar bor. Dunyo Uyg'ur qurultoyi shundaq bir kelishimga qo'l qo'yganmi, yerlik millatlar kelishimiga qo'l qo'ygan shu bu deb. Bundaq nima mavjud emas, bundaq nima yo'q. Buning hammasi ya'ni uydurma, xalqlar tep chiqqan gap. Undaq bir qo'l qo'ygan nima bo'lsa, akasi ko'rsatsa bo'ladi. Mening ko'z qarashim bu, biz bu yerlik millat degan chaqda indigenous people deb xalqlar degan indigenous people emas, lekin biz Sharqiy Turkistonning yerlik xalqi. Buni Xitoy bizni Sharqiy Turkistonning yerlik xalqi emas, bular ko'chib kelgan Mong'oliyadan 9-asr deydi. Lekin u nimasiga qarshi biz deymizki, biz Sharqiy Turkistonninki yerlik xalqi. Shuni men demoqchi deb qo'ymoqchi. Ya Arslan, o'sha tema haqida bilan 1 minutlik yana qisqacha izohatim bor. Ömer Qanot apani nayt yaxshi dedi. Benim javob berishim burun, abay deganda sizlarning vaqtinglar nayt qimmatlik, nurg'un savollar tushyapti. Ammal bormi shu javoblarni? Men qisqa javob beryapman. Chunki hozirgacha qurultoyda bizda nim qilmagan bo'lg'achqa jamoat ijiq talash tortish bo'lg'achqa biroz kamayib ketdi. Bu yerlik millat meselesi bir ikki odamning bundoq bir deyishi bilan oqchi ko'kchi deydigan masala emas. Agar Dunyo Uyg'ur qurultoyi bu masalaga baho beraman desa, xalqaro qonunchilarni to'playdi. Kanadada, Amerikada bu yerlik Birlashgan Davlatlar Tashkilotining yerlik millatlar haqidagi 2007-yili va undan keyingi butun muzokaralarda bu qonuniy asoslarni ta'minlagan qonuniy mutaxassislar ularning fikrini turib, yerlik millat desak, uning afzalligi nima, kamchiligi nima? Sharqiy Turkiston davosiga siyosiy va qonuniy jihatdan foydasi nima, ziyoni nima? Foydasi yo'qmi, ziyoni yo'qmi? Biz buningga o'lchab turib, paketlarni qonuniy va hamma narsani oldimiz qo'yib turib, anandan keyin hukm qiladigan masala. Buningga balki bir qancha yil ketishi mumkin. Chunki Kanadami, Amerikami 3-4 yil nim qildi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti buni men dedim-ku 1925-yili
o'tirib qo'yilgan masala toki 2007 yili, ya'ni 80 yildan ortiq talash tortish bo'lmagan masala. Shunglashqa buni bir ishga mandaq dedi debla kesib atadigan masala emas. Yana bir jihatdan Xitoyga qaraymiz. Xitoy hozir Sharqiy Turkistonning yerlik millatlari Uyg'ur emas, Qozoq bilan nimalar? Mo'ng'ullar demda birlarni tojiklar deb Uyg'urlar sirtdan kelgan. Xitoyning rasmiy bayoniga qaraymiz. Bu 2007 yil 9-oyning 13-kuni Birlashgan Davlatlar Tashkiloti yerlik millatlarning haq-huquqi jakarnomasini e'lon qilganda Xitoy buni qo'lladi. Qo'llaganda belki izohati nima? Bizda Xitoyda yerlik millat yo'q. Xitoydan boshqa 56 oz sonliq millat bor. Oz sonliq millat degan qonuniy jihatdan haq-huquqi eng tuvan bir kategoriyaga kirdi, qonuniy kategoriya. Shunlashqa Xitoyning rasmiy bayonoti var bu yerda. Anadan keyin Birlashgan Davlatlar Tashkilotining yerlik millatlar haqida dunyo millatlarining va cho'ng davlatlarning tutgan maydoni va shunlashqa buningga qurultay, Sharqiy Turkiston xalqining eng oliy manfaatiga vakillik qilish uchun qurilgan qurultay buni bir ishga manda debdi ya munda debdi deb uningga unda baho bermaydi. Qurultay hechimiz qonun komitetining mudiriman. Buningga xalqaro mutaxassislarni kelib turib, mushlarning ahlini kelib turib, ularning fikrini ilib, ortiqchiligini, kamchiligini siyosiy jihatdan, qonuniy jihatdan, vatan da'vorimizga, mustaqilligimizga foydasini ziyinimi? Bularning hamma dasqonga to'kib, undan keyin qaror berilgan masala shunlashqa bu ijtimoiy taratqulardagi talash tortishlarga qarindoshlarimiz qat'iy e'tibor qilmoqda. Xo'sh. Rahmat. Bu temada jiq to'xtalib ketdik. Yana bir temaga o'tsak. Bay degandek, shu Nijat Turg'un efendimning bayonotida yanala shu To'g'liq Hamid efendim, yani To'g'liq G'ulja deb aytildi Facebook'da. Shu Dünya Uyg'ur Qurultiyi tarafidan bir rahbarlik darajasida birisi tarafidan qo'yildi deb bir hatto kendisi o'zi shohid bo'ldi bu sifatlarga. Şu atasını chiqib berdi deb nurg'un pul bu mal dedin qo'yilibdi. Bu haqda bir javob, bir aniqlama bera olamsizlar? Rahmat. Rahmat. Biz shu nima deyman, men ko'rdim shundaq debdi. Endi albatta bu nimada bizning qo'limizda hozir bizning qo'limizda bir paket yo'q. Agar paket bo'lsa, shu Dunyo Uyg'ur Qurultiyinki har qandaq rahbarlik o'rnida turgan bir insonningki shu hozirgi deyilgan iddia to'g'ri bo'lsa, o qo'ldagi paketlarni, hujjatlarni bizningki Dunyo Uyg'ur Qurultiyinki bosh taftishligi bor. Taftishga avatsin. Taftish uni ko'rib, agar haqiqatan shu inson shu jinoyatni sodir qilgan bo'lsa, uni biz jinoyat deb qaraymiz Dunyo Uyg'ur Qurultiyi. Agar shu jinoyatni sodir qilgan bo'lsa, qaysi martabada bo'lsin, Dunyo Uyg'ur Qurultiyidan haydab chiqariladi yo iste'fo berishga majbur qilinadi. Ammo bir odam chiqiblar Facebookda menga mandaq qildi, meningki pulimni yeb oldi, ilib oldi, u bu desa, uni deb biz o insan 10 yıldan beri Uyg'ur o'zining millatiga, xalqiga xizmat qilib kelayotgan bir inson. O insonni qo'papsa, bir insonningki Facebookka chiqib degan bir gapi bilanlar ip tashlab etilgan bir ish yo'q. Dunyoda hech qanday bir yerda bunday bir ish yo'q. Agar haqiqatan shunda qo'lida shunda paketlar bo'lsa, nima ishga ivatmaydi Dunyo Uyg'ur Qurultiyininki taftishligiga. U kim bo'lishidan qat'iy nazar her qandaq yerda Dunyo Uyg'ur Qurultiyining har qandaq rahbari to'g'risida shundaq bir chiriklik bayqalgan bo'lsa, ya o'zi shundaq bir nimaga uchirgan bo'lsa, uni bizga xabar qilish kerak. U haqda biz tadbir olamiz. U insonga biz rahmatimizni aytamiz. Shu insonningki shu jinoyatini bizga xabar qilganligi uchun. Shuningga buningda nayta nima bo'lsin, xotirjam bo'lsin. Agar shu insonning qo'lida palani vaqtida mendan pul oldi debdi-ku. Pul oldi desa, palani vaqtida men pul olgan, mana hujjati. Palani vaqtida meyada manda bir nima bergandim, uninki hujjati mana qo'limda deb shuni nimalarni bizga ivatish kerak. Ammo u hech qanday paket bo'lmasdan turib, qo'limizda hech qanday paket bo'lmasdan turib, biz Dunyo Uyg'ur Qurultiyining qo'lida deyman. Agar ularning qo'lida bizning qo'limizda bor debdi, bor bo'lishi mumkin. Ammo u paketlarni bizga ivatib bersin, taftishlik tekshirsin. Agar shu to'g'ri bo'lsa,
degandek bu xalqimizning oldida bu yerda men shunga so'z beraman. Eğer qandaq insan aşındaq bir cinayetini sodir qilgan bo'lsa, biz uningga jiddiy tadbir qo'llanamiz. Rahmat. Ağabey biz biraz tarixten bahsettiniz. Mesela şu Şarkı Türkistan Milli Kurultayı, Şarkı Türkistan Milli Merkezi to'g'riliq. Endi bu yerda öken deyilgandek şu Enver Yusuf Turani rast degandek şu Bill Clinton bilan ko'rashganmi? Sizning buningdan xabaringiz bormi? Va bu surgunda hukumatda zodi qandoq qurildi? Do'q Dünya Uyghur Qurultayı Enver Yusuf Turani tarafidan qurilgan Sharq Turkiston surgunda hukumatini yo'qotish uchun harakat olib berildimi? Ben birinin deb o'tay, mening Enver Yusuf meningki nayt uzun yillik bir tanışım hem dostum deb qarayman men. Biz 36 yil bo'libdi men Enver Yusufni taniganligimga. Biz nurg'un ishlarni birga qilishga tirishdik, bo'lmagan ishlar bo'ldi. Albatta, uningdan keyin Amerikaga men keldim. Amerikada mo Enver Yusuf chaqdi faoliyat ilib bordi 93-yilda. Biz yana bir Amerikada ko'rashdik. Albatta, Enver Yusuf nayt vatanparast, bir vatan millat savdoyisi, bir qarindoshimiz, uningga hurmatimiz bor. Bu Sharq Turkiston surgunda hukumatini biz nimadan birga ishlamadik desangiz, bu Sharq Turkiston surgunda hukumatini qurilish shakli bo'ldi buni keldi. Dünya nima Sharq Turkiston surgunda hukumati degan bir hukumat, bir sharaflik bir organ. Bizningki xalqimiz muhtoj bo'lgan bir organ. Xalqimiz hatman cho'qim qurish kerak bo'lgan bir organdir. Bu organni hozir mushu dedik-ku nimaga aylantirib o'tdik-da endi. Mushu xato bir siyosat, xato nima sababdan tutgan yo'limiz sababidan Enver Yusuf 2004-yili bu Sharq Turkiston surgunda hukumati qurilmasdan burun shunda bir ko'rashgan chog'da u dedi, shunda men Sharq Turkiston surgunda hukumati quray deyman deb. Men shu chog'da dedim, Enver nayt yaxshi fikr, bu bo'lishi kerak. Cho'qim shundaq bir hukumatniki bo'lishi xalqimizning taqozosi, shunda bir hukumat qurilishi kerak. Ammo buningki shart sharoiti va shu yetib kelsin. Eningdan keyin bu sen bilan men mushu Amerikadagilar bir o'ltirabla quradigan bir nima emas. Bu dunyoda hozir 2 milyonga yaqin Uyg'ur va O'rta Osiyoda va Turkiyada va butun dunyodagi tashkilotlar bir araga kelish kerak. Shularni akilasak, şu insonlarninki hammasiniki, hatto u chaqda ba'zi nimalarimizni hayot tutdi. Sharq Turkiston Cumhuriyetining qurilishida rol olgan, shu chaqda ofitser bo'lgan insonlarimiz Qozog'istonda hayot tutdi. Men dedim shularni akilaydi. Shundaq shularning varisi bo'lgan shu nima Sharq Turkiston Cumhuriyetining qurilishida, shu qurilishida rol olgan insonlarni olib kelib bundaq nima qilayli dedim. Lekin Enver keyin menga hech qanday gap qilmay Sharq Turkiston surgunda hukumatini qurganligini e'lon qildi. Bir xabarimiz bo'ldi albatta. Buningda jiqroq shu o'zining yaqin odamlari keldi. Nayt bir bichora bir ahvolda qurildi Sharq Turkiston surgunda hukumati. Bir 30 odam bir yerga kelib, bir Sharq Turkiston surgunda hukumatini qurish bu to'g'ri emasdi. U chaqda ammo biz uningga hech qachon qarshi chiqmadik. Surgunda hukumat qurildi. Surgunda hukumat qurilgandan keyin Enver bilan munosabatimiz yaxshi davomlashdi. Chunki Enver bizningki, men deganim shu, uzun zamondan beri biz birga ishladik. Hatto Enver Dünya Uyg'ur Yoshlar Qurultayiniki 1998-yili Anqaraga vakili bo'lib berib, Dünya Uyg'ur Qurultayiniki muavini bo'lgan. Men rais saylangan Enver Yusuf şu Dünya Uyghur Qurultayı Yoshlar Qurultayiniki Dünya Yoshlar Qurultayiniki muavin raisi oldu. Shunda muavin rais bo'lib saylangan, shu jihatdan deyman, biz birga ishlagan vaqtlarimiz bo'ldi deb. Lekin ammo bu surgunda hukumatga qarshi biz turmadik. Hatto shu chaqdagi Dünya Uyg'ur Qurultayining raisi Erkin Alptekin efendim bu
Enver'ge men dünya bizge demigen çağda hatta Erkin Alptekin gideptike bizge dedi Erkin Alptekin Enver Muş'unda davet dep şu çağdı mı Erkin Alptekin efendim mi boptu kusam yakşı boptu mübarek olsun. Çünkü hem de başka çaremiz yok. Enver hemen teyyarlap boptu men hükümetini kurumen dep ama bu hükümet manda kuruluş gerekti. Onda bu muğaşka biz onun da rol alamayız. Bütün başka halklarınki biz nima dep cevap verimiz başka insanlarga. Bu davaga şunda hizmet kılıvatkan, bu davaga köngül vergen, milyonlagan, yüz minlagan adamlar var başka devletlerde. Çünkü uçakta şunda bir hayacan devretti. Desek Enver Yusuf bunu kurdu. Elbette Amerika Devlet Meclisi işçide kuruldu. Ama o Devlet Meclisi'de her kim jığına çalaydı. Onu mu değişim gerek? Biz mesela o Enver Yusuf'un Devlet Meclisi de Şarkı Türkistan sürgünde hükümetini kurganlığı naite nime bile tılgı iftihar bile tılgı ilini do bizni mi 2019 yılı Devlet Meclisi de Amerika devlet erbaplarının huzurunda kongresmenler, senatörlerin huzurunda milli marşımızı çaldırıp durup bayrağımızı isip koyup durup şu devlet erbaplarının hemmisini orundan toğuzup milli marşımıza hürmet bildirgen halda Dünya Uygur Kurultayı'nın yığınını açtı. O yığını 2009'da başladı. En ahırkısı 2019 yılı ve yığını açtı. Hem de o Enver Yusuf'unki o nimesiga sürgünde hükümet kurulgan çağda şu içilgini raz şu yerde içildi ama o digellik hükümetinin şu çağda bunun kollap Enver Yusuf'ni jığın şu nimeni Şarkı Türkistan sürgünde hükümetinde kur diyen gap yok u yerde. U yerge bir tane o kongresmen katnaşmagan. Elbette bunu biz ilgili vay muşunda bu mu dep deyişine kalmayımız. Lekin cık ilgili nimeler bile kuruldu. Biz ama Dünya Uygur Kurultayı buluş süptümüz bile hiç kaçan Enver Yusuf'unki bu sürgünde hükümete karşı durmadık. Ona tosaşk tırışımıdık. Ama fikir ayrılığımız boldu. O yakşı bulmaya kaldı. Yakşırak kuruluş gerekti dep geldik ki hatta dünya sürgünde hükümet kurulgandan kim o Enver Yusuf bilen neçiyedi bille faaliyetlerde bille bulduk. Özümü bana şu çağda dedi Enver Yusuf bana biz diyen boşundaki yerlerde bir araya kelereyimiz dep neydi muhim bir neçe faaliyette bille bulduk. Hatta ben aşı sürgünde hükümetninki bir kitaphanede içilgan jığını badım. Jığını mı katnaştım. Tebrikledim Enver'ni. Enver mi bana rahmet etti alayda. Kilip ma jığını mı katnaş belginler için rahmet ettim. Ve şununla bu yerde ne ki sunni birini yaratış meselesi buluvatıdı ve bütün ilki bulmagan işler, kılınanmagan işlerin hemmisini Dünya Uygur Kurultayı döngeç bu bir siyasete elip verilatıdı. Bu doğru emez. Hatta fantazi şekilde Dünya Uygur Kurultayı'nın mecburlagan halda başka nimlerge tiniş o Dünya Uygur Kurultayı'nın yok yerlerde Dünya Uygur Kurultayı'nı mevcut köstüp Dünya Uygur Kurultayı ma işki mandat tosqanlık kıldı, ma işki maskalat tosqanlık kıldı dep ötkende bayağı da içilgan halk bile uçuk söhbetimi Dolkun İsa efendim uçuk dedi. Biz hiç kandak adamdan her ikitiga karşı durmadık. Bunun hemmesiga kılımızda oturga çıkkan bolsa bu kılımla dedik. Ama hiç kimden işe tosqanlık kılmadık. Tosqanlık kılmagandan set bazı yerlerde hatta bayam digendek Mehmet Tohta efendim o dep ötti. O meyedik Salih'ninki sürgünde bu ya neç sürgünde hükümet var o. Salih'nin sürgünde hükümetininki ve nimege cinayet sotaga halkara cinayet sotaga bergen erz nimesini biz o yaxşı bir işte her kanda bütün dünya Uygur nimedege qarap bekinlar. Halkara matbuat qarap bekinlar. Bizni nurgun yerlerde interview kıldı. Biz bilen sohbet ötküzdü. Bunun qanday qaraysızlar dep biz nayt yaxşı iş bu işni qollaymiz dep aşında interview sohbetini aşında sohbet ötküzdük. Şu gipimizni dep geldik. Biz qollap geldik.
hech kimga qarshi turmadik. Biz hech kim hech harakatga bu qarshi emas. Ular deyiglik sizlarmi meninglar qila olsanglar bizdan yaxshiroq ish qilinglar. Hatto To'lqin Iso Efendimiz degandek, agar boshqalar yaxshi bizdan yaxshiroq ish qila olsa, biz shularga ketilib ketaylik. Ammo bir-birimizni inkor qilmaylik. Bayam nima Mehmet To'xta Efendim degandek, hozirgacha bo'lib boqmagan bir ish bu. Xalqimizning shunchalik nozik bir payt bo'layotganligi. Sharq Turkiston masalasining Uyg'ur masalasiningki qanchalik xalqaralashganligi, masalamizning hal bo'lish nuqtasiga qarab meniyotgan bir nimada paytda qo'pab bir-birini inkor qilish bu davoyimizga qilingan eng cho'ng ihanət bo'ldi deb qarayman. Eng cho'ng zarba bo'ldi deb qarayman. Uyg'urlarning nayt vaqti az, buni bilib qo'yaylik. Biz mushu bir necha yil ichida xalqimizni qutqizib olishimiz kerak. Agar qutqizolmasak, shuningga qarshi tadbirni ololmasak, biz yo'q bo'lib ketish xavfiga duch kelamiz. Buning uchun xalqimiz shundaq ig'ir ahvolda, shundaq ig'ir paytda, shunda nozik bir paytda bir-birimizga qarshi bundaq inkorchilik bilan o'ttirga chiqsak, qilgan ishimizni ko'rsataylik ish bo'lmasa, ish qilaylik shuning o'rniga. Ben başka yer kirket kaldım, kapılmayısız. İş yok. Siz abay Salih Hudayar Efendim'nin ismini tilgapsiz. İlişi bilelim. Bu yerda Salih Hudayar'ni çıkıpsiz go degandek gap sizler hazır yazıldı. Bu gap sizler bulunuyordur. Bunun bir iniqlama berelim siz. Rahmet. Birme elbette. Ben Salih Hudayar'ni iş kaçan çakmadım. Hatta Salih Hudayar bilen başka adamlarga qaraganda texi yaxshi bir munosabat o'rnatish için tirishdim. Hatta bizniki bir namoyish bo'lgan. Namoyishda Salih Hudayar bilan bizniki mushu Uyg'ur Amerika jamiyatining boshqa nimalari, a'zolari hatta u yerda urushib ketgan bir jidal mojarolar bo'lgan ekan. Shuning bilan ikki taraf namoyish o'tkazib, shundaq ahvollar bo'ldi. Shu chaqda 5-iyul voqeasiningki nechinchi yildagida hozir esimda yo'q. Men ba'zi nimalarning qarshi turishiga qaramay, shu biz bilan namoyish qatnashgan 100dan oshiq insonni Xitoy elchixonasidan yo'l mang'izib, Oqsaroy oldiga kelib, Salih Hudayarning namoyishchilari bilan birlashdik. Shu yerda xalqlar hozir nimadimi bor? Videoda qarasanglar ko'ralaysizlar. Bu yerda voy Uyg'ur birlash deb şuarlarını to'lab, xalqimiz shunchalik bir hayajon nimasi yaşadı. Nayta hayajonliq bir paytlarni yaşadı shu yerda. Hatta Rabia xonimmo shu yerda bergan bayonotida mana bugun nayta xo'shalliq bir kun dedi. Bugun mana Ömer Qanat shu namoyishchilarni boshlab kelib, bu yerda birlikda namoyish o'tkazyapmiz dedi. Hatta shunchalik darajaga bordik. Andan keyin qandaq bu nima ish qandaq bu inayt yo'g'inab ketgan bir gap bo'pti. Keyin Salih Hudayar buni boshqalarga deb ashundaq. Bu andan keyin tuyuqsiz bana bir hujum boshlandi. Salih Hudayar sen nimani qonun loyihasini Ömer Qanat tiqyapti. Sen shu qonun loyihasini bersan deb hatta bana tahdid qilib telefonlar qilgan vaqti bo'ldi. Shu ben hatta evet verdim Salih Hudayar'a kanun layihasini şu çağda tüzülgen. Tek bu lahiye bir tüzülmegen bir kanun layihası. Evet versem bu emez. Sen şu toluk nimesini verirsen 200 betlik kanun layihası da. 200 betlik kanun layihası bulmaydı o. Muşu 14 bet muşu kanun layihası. Hazır çıkan kanun layihalarını körüvatsızlarına 20 bet, 17 bet, 20 betten oşuk çıkmaydı bir kanun layihası diye. Bilsem bana naiti bir töhmetler kılındı. Çıkıp Facebook'larda bana Ömer Qanat muşunda tıkıvaptı. Kanununu Ömer Qanat muşu bütün lagerler kirgenlerinin mesulü Ömer Qanat. Çünkü Ömer Qanat bu kanun çıkıdıyken bu kanunu bisip yituvaptı. Ve bundak bir nime bazı insanlar şunun işendi. Yok kandak ya bir senatör, bir kongresmen kanun layihası tüzüp bana evet dedike ben onu tıkıp koymanken. Bu yani mantık nimesiga to'g'ri kelmaydigan bir gap. Bir qonun loyihasi degan bir senatorning mana ko'rgansizlar, bir senator ya bir kongresmenninki bir bolasidek u. Shu kongreda yaratgan bir asari bo'ladi u. U asarini u qo'g'dash, u asarini shu kongredan o'tkazish, shuningga ega chiqish u nimaninki
şu asaslık programlarının buldu. Sanatör olsun, kongresmen olsun. Degende ki, ben qattiq buningdan ranjidim. Şu vaqtida bir faaliyet ilip verildi. Faaliyet ilip olgan yerga meni chaqiribdi, Salih Xudoyorni chaqiribdi. Degende ki, men uningga xat yozdim. Men dedim, men borolmayman uningga. Çünkü uçakda barsam, o Salih Xudoyor bilan men u yerda hozir unda nima yo'q, hamda o hissiyotlar uçakda tugidi. Bu yerda men Salih Xudoyor bilan yo urushib qolaman, yo birini deyishib qolaman, yo u yerda bir jidal chiqadi. Men u unchilar menga haqorat qilgan odamni u chog'da men ko'rgan bo'lsam, bir yerda tug'an bo'lsam, uning bilan mening mo'yilga nayti ishtik bir nima ba'zi chog'larda mijozim ishtik odam. Men deb şunun oldini elish uchun men bu Salih Xudoyor bo'lsa, hamsi men bormayman dedim. Bu to'g'ri. Mushunda dedim. Biz bormaymiz dedim. Desam, uni Salih Xudoyor ko'tarib, voy meni chaqdi. Chaqqan nima emas, bir tashkilot buyerdagi bir tashkilot bir namoyish uyushtirdi. Shu namoyishga, shu nimaga men bormayman, men u yerda so'z qilolmayman deganim. Shu. Buni xalqimiz bunday tushunishi kerak. Buni qo'pab Salih Xudoyorni men ya başıga, ya uningga, ya buningga chaqqan bir masala yo'q. Bu jiq chiqib ketdi bu gap. Yaxshi bo'ldi bu savolning so'ralganligi. Shu naq maydonda xalqimizga buni men bir izohat berdim bu xususda. Men o'zim rohatlab qoldim. Akamizdan bir savol chiqardi. Rahmat. Men hozir yana bir telefonni olay. Bu yerda yana bir narsa eskartib qo'yay qarindoshlar. Odil telefon qilmay telefonni qo'yib qo'ydim. Boshda mesaj aytibdinglar, mening bu savolim bor deb, anandiki men tek urma navbatinglar kelgan chog'da rahmat. Bir qarindoshimiz uribdi hozir. Ismingiz deb anandiki boshlasangiz bo'ldi qarindoshim, rahmat. Pardon, mishada nima ismingiz deb aningizga savolingizni so'rasangiz bo'ldi, rahmat. Assalomu alaykum. Amerika, Mehmet To'xtaxonda avvallar. Men Gollandiyadan Abdurim G'ani. Yaxshi suhbat bo'ldi. Men o'zimniki bir suhbat kirib bir fikrimni, savolni o'tirib qo'yay deb telefon qildim. Men hozirgacha har xil shakldagi, har xil turli jidal majra aralashmay keldim. Masalan, uluschilik Uyg'uriston jidali bo'lsin, independent people meselesi deganek her xil bundaylik bir-birisiga qarshi bo'lgan munozara qatnashmay faqat kuzatib sutida keldim. Ba'zi masalalarga o'zimniki bir tanqidiy fikrlarimni bir kuzatkish bilan sutida o'tirib qo'yib keldim. Faqat men o'sha Sharqiy Turkistondagi besilgan zimni ekanlik oid maxfiy hujjatni oshkorlab, buning bu hujjatni ko'tarib chiqishga bektirishdim. Men buningga Muştan diken hakem Nurgullah dedi sen kurultay karşı kurultayga ölçmeli kıvatsa o bu da ben kurultay karşı emas kurultay ölçmem emas. Ben bir Uygur'un bir milletçiler sütüm bile Uygur'un kurgan teşkilatıga karşı olsa bu benim bir vicdanıma gururuma xilaf. Şuna kurultayın faaliyetlerini kollayma. Hazır mı kollayma? Faaliyet kalsan çakırsan var ben. Yani ben demekçi oğunum hem de Ömer Kötken'in sıdımı şu mehbi hüccet akırgıya sualga nek meydan ufun kısım siz bunu inkar kıldınız, bunda bir hüccet yok dedi. Bunu kurultayın hem yetti rehberler hemisi inkar kıldı. Ben bunu delil ispatla oturup koydum. Erkin alıptaki akımızdan bir kötüyem çırayla şekilde küresem bu akımızı inkar kıldı. İnkar kılırken hemisiga ben üstteki İsa Yusuf alıptakindeki yazgan kitibideki 500 betteki delil ispatını oturup koydum. Koygandaki bu akımız ben bir kürep ben haberini bireydi de hani arlık yaratmasam Türkçe ben cevabını vermeden yo'qolib ketdi. O'tganda buni men qurultay yig'in echilishdan ilgari men mush hujjatninki surishni yana qilib Dunyo Uyg'ur qurultayiniki taftish boshlig'i Abdukim Idrisga o'tirib qo'ysam buldingiz tekshirib sana javob beramiz deganda ko'p javob bo'lmadi. Ana oxiri men qurultayiniki xalq vakillik nimasidan voz kechyaptim. Bu aniq narsaga buning yolg'onchi olmaydı. Anıkende ma Gollandiyadan maxsus qurultayınki nimasiga chekishilgan yig'inga borgan bir qarindoshimiz bor edi. To'sinjan havol qildim. Biz yig'inga borganda İsa Yusuf Altekin'den mushni bir so'rab beqiga Erkin Altekin'den mush maxfiy hujjat haqidagini deb hadisni yozgan kitobni yazdim. Shu bilan men WhatsApp evet vermiş köstüp aşk akımızda muş doğrusu ne mereydi iken bir so'rab beqim sen bunu deb To'sinjan bir görüş yaptık ki kürese Erkin Altekin
Biz depti bu hüccet var. Lekin bu bala bu hüccet kirişi oldu. Bu hüccet bu balaga birişki bulmaydı. Bunun da bu mühim nurgun hüccetler var qara sandıqda. Bunu biz bir kuni açmayız. Açsak yani bu balığı beğenmeyimiz bu narsalarnikini. Lekin bunu etişniki bir vaqt saat emas. Vaqt saat kelganda biz içip bunu dunyoga oshkorlaymiz deb bu gapni yevatibdi. Ham buning ovozi bor. Endi olsa bana beğenmişsin to'g'ri. Bana bir to'g'anga men bir xalqaro tashkilot emas. Bo'lmagandan bana beğenmişsin to'g'ri bu narsanikini. Lekin dunyo Uyg'ur qurultiyiga birish kerak. Mening bu yerga Dünya Uygur Kurultayı deyen iki rehberli oturuptu. Ömerkan akımız bile icra komitinin reisinden, kanun komitinin reisi Mehmet Tokak'ın oturuptu. Eysa Yusuf akımız depti Tosuncan'a bu hüccetini ben vaat yaptı. Lekin hazır aşkarılmaydı iken. Bundan sonra Erkin akımızın yaşadığı 80 yaş yaşıp gitti. Allah ömrünü uzun kılsın. Ölüm yetimdeki Ahmet'den abişlik var. Tuyuqsu vapa topu kap kalsa uçakta bu karısandığı biz kimden sürüştü kılımız. Bu mehbi hüccetlerini şundan başka bundan yani nurgulga hüccetler varken bu hüccetlerimiz kimde sürüştüklerimiz o karısandık nerede kim bizi kaytırıp bu karısandık ne bu bir mesele şu başka biz Xitoydagi hukukimizni alamayız Xitoy dinimizni alamayız dişli ilgili evvel hazır hayat vaktidagi qo'lda bor Sharq Turkistondagi davlat manfaat munosabatli bo'lgan hüccetlerini yig'ib shularni tadqiq qilsak bo'ladi bu narsanikini shu demoqchi bo'ldim chiqqan o'tiribsizlar meni qurultayning kuchligini Hakikaten ben bununla yana deydiğim fikrim Erkin Altekin akımızdan körüşüp şu qara sandıqdan nemeler var? Nemeler var? Şu tizimler o nasıl kurultay bir ötküzü varsa o nasıl bana mı dersin? Kim beğensin? Manda hüccet ne? Maçıcanın maçıcıkı ne? Ben ya Dolkun İsa'ya beğendim ya Ömer Kanat'a beğendim ya Mehmet Koktuk'a beğendim. Manda adam şahit de bunu bir motor kıldırıp bu neslikine bir koysa. Öyle bir günde bunu esqatqa vakti biz kimden alımız bu nesleneki demekçi olan neslen bu meniki. Çünkü bunun ben en ahırkadım cevap alalsam aldım. Yani bunun cevap alanma yana kıpkap kalsam ben yani Uygurlara buna devamlı müracaat kılmam. Ben o sual sorap bunun cevapını bunu kıldan için kayıtlanmagan diken kulumuz var. Gidip bunu dünya böyle. O birincisi hem de. Ma başka bir cevap versin. Ya tamam. Ya rahmat. Hemen ölçemeye doğru. To'g'ri o'sha nimaga ko'ngil bo'lib degandek qanchalik vaqt bo'ldi o'sha nimaning oqida yurdi bu qarindoshimiz biz men inkor qilmadim lekin men dedimki men ko'midim dedim shuni deb qo'yay bu nima bor bo'lishi mumkin men bu nima yo'q degan gapni qilmadim bunda bir nima men ko'midim Iso apandimninki yanada ishildim lekin balki men ko'mmaganligimning sababi belki ben Xitoycha bilmayman birincisi bu hujjat Xitoycha ekan shunda deyildi o Xitoycha hujjat deb men buni men ko'midim bo'lishi mumkin men ko'midim dedim boshqalarmi shunda degan bo'lishi mumkin chunki biz o bilmagan nimani yo'q bunda nima yo'q delanmaymiz Erkin Alptekin apandimninki unda degandan xabarimiz bo'lmadi albatta shunda degan bo'lsa biz nayti bir yig'in içip bunu ben sizge müşahede va'da berma cho'qim bizningki reislar yig'inida bu masalani o'ttirib qo'yib Erkin kam shunda debdi buning nurg'un hujjatlar nimalar borki agar bo'lsa buni o'zi bor degandiki buni e'lon qilish kerak yo bo'lmasa dunyo Uyg'ur qurultayiga buni taslim qilish kerak deymiz chunki nimaga bizningki nihoyatda ehtiyojimiz bor hozir bayan Mehmet To'xta apandimi deb o'tdi biz hozir birinci bo'lib bütün Uyg'ur tarixchilarni yig'dik Uyg'ur mutaxassislarni yig'dik xo'sh biz Sharq Turkistondagi zamin davosini qilamiz buni mustaqil qilish uchun Sharq Turkistonning mustaqillik nimasiga erishish uchun nurg'un yo'llar bor bosilgan qonuniy asoslari bo'lishi kerak bu qonuniy asoslarini tiklash uchun qo'limizda hujjatlar bo'lishi kerak qaysi qonuniy asosga qarab mangsak Sharq Turkistonning mustaqilligini tezdan qo'lga keltira olamiz deb tarixchilar bilan kurashdik mushunda hujjatlarni aslida biz yig'dik nurg'unlagan tarixiy hujjatlarni Sharq Turkistonningki bisilingan bir zamin bo'lganligini isbotlash uchun bu hujjatlarning hammasini bayan Mehmet To'xta apandimi degandek bir xalqaro advokatlar gruppasiga berdik bu xalqaro advokatlar gruppasi bizga nihoyat oz pul bilan xizmat qilyotidi
Şunda bolsa mı 60 ming dollar pulni şununla hajildik. Yakında bir jığın açtık. Ula muşu Şarkı Türkistan'dan ki besibilingan zemin boğallığa ait bütün hüccetlerini, jıkkan hüccetlerini qaysının bilen mansı bunu tehimu yaxşı bir ispatlaş imkanının boğallığını biz bile paylaştı o fikirlerini. Demek ki bununla bizning bunda hüccetlerine ait ihtiyacımız var. Eğer erkin alttakinde bundak bir hüccet mende ba degan bolsa, o çoqum bizga berish kerak. Çoqum şu mutaxassislar guruhiga bu Şarkı Türkistan'daki besibilingan zeminligini ispatlash uchun hozir ishlayotgan xalqaro huquqchilar guruhiga bunu biz ep berimiz, o berish kerak. Bunu biz sizga shu va'da beraman dedim. Bizniki raislar guruhida bu masalani muzokara qilamiz. Men bir ikki qiz fikr qatnashtiray. Ömer Kanat Efendim'le degeni to'g'ri, biz bu qurultayning qurilishidan boshlab hozirgacha 17 yil vaqt o'tdi. Erkin Altekin bizning tunji qatimliq raisimiz saylangan. Men hozirgacha shu da'voga aralishish jarayonida hamda Isa Yusuf Altekin rahmatlik bilan mo'jiq ko'rishgan suhbatlarda bo'lgan oq sanduq, qora sanduq, yashil sanduq ularga gapni anglab boqmadim. Endi agar undaq bir sanduq yoshirilgan bo'lsa, bu Isa Yusuf Altekin rahmatlik tarafidan yoshirilib, Erkin Altekin vatanparvar odam, hayotini shu da'voga qatnagan odam. Isa Yusuf Altekin haqida men vatandan chiqishdan burun shu vatanda bo'lgan tashviqotlarning nimasida ta'sirida menmi yaxshi ko'z qarash bilan qaramatdim. Alloh bilganni bandadan yo'shog'anning nimasi yo'q. Bular shu vatanni tashlab, shu qichib ketgan deb shu shundoq nimalar batdi vatanda tashviqot. Men chiqdim, Turkiyaga bordim, ko'rishdim. Ishni bu rahmatli odamning o'zidan bu davoni anglash nimasiga muyassar bo'ldim. Jiq suhbatlarda bo'ldik degandek. Ama bu adamning ichidan urg'ib bir vatanparvarlik, bir vatan uchun nimani bag'ishlagan bir ruhni men o'z ko'zim bilan ko'rdim. Yana birisi bu marhum Isa Yusuf Altekin bilan birga qadamma qadam turgan ikkinchi bir odam bor, biz unutib qolsak bo'lmaydi. Mehmet İmam Bug'ra rahmatli. Agar bu yerda Isa Yusuf Altekin efendimning ba'zi gumonlarimiz bo'lsa, Mehmet İmam Bug'ra efendim vatani uchun ikki qarindishini shahid vergan. Xotanda amirlik qilgan. 1930-yildagi Cumhuriyetning qurilishiga ta yangisagacha kelgan inqilobchi odam. Bu odamlarning vatanning mustaqillik qilib keladigan yoki undaq bir hujjatlar bo'lsa, uni yoshirib, uniga men ehtimol bermayman. Deganimdek, hozirgacha men undan narsani tushirib boqmadim, yo anglab boqmadim. Agar shunday narsa bo'lsa, bayat Ömer efendim dedi, hozirgacha qurultay 60 ming dollar pul xarjlab bo'ldi. Ba'zi atalg'ular bizga shunday qolay. Masalan, besibilingan zaman, mustamlika, bu buning bizning tilimizda ishlatgan iste'mol ma'nosi bilan qonundagi atalg'u o'xshamaydi. Bu Sharqiy Turkiston mustaqilligi qaysi so'z, qaysi qonuniy atalg'u eng muvofiq keldi? Qaysi qonuniy atalg'udan Sharqiy Turkiston xalqining mustaqillik orzusi to'liq gavdlangan holda shu amalga oshirib, buning qonun asoslarini tiklashga yordam ber deganda, masalan, İngilizce nurg'un so'zlar ishlatamiz. Qonuniy occupation deymiz, conquest deymiz, foreign subjugation deymiz, foreign domination deymiz, ananikin colonization, hammasi shu ishg'ol qilishga munosabatli narsalar. Ammo qonun tilidagi buning beradigan ma'nosi o'xshamaydi. Agar bir davlatning ishg'oli uzun muddat bo'lib kelsa, colonization mustamlika kiradi. Mustamlika millatlarni mustaqilligini garantiyasiga xalqaro qonunlar bor. Mushuning asosini tiklash uchun bu qarindoshlarimiz necha vaqtdan beri bir yerli xalqlarni talash tortish bilan bo'lgan mezgilda biz nima bilan aldirash degandak 60 ming dollar pul xarjlanib bo'ldi. Yana bir 40 ming dollarga yaqin pul xarjlab 3-4 oyda Sharqiy Turkiston mustaqilligining qonuniy asosi tiklandi. Kanadada 6 advokat ishlayotdi. Qonun guruhlari. Yana siyosiy maslahatchilar bilan o'sha kelarapda o'sha burun ministr bo'lgan, ministr yordamchisi bo'lgan, nayta dangliq siyosatshunoslar, professorlar mushlar bilan qonuniy maslahat guruhi shakllanib bu kelarapda rasmiy e'lon qilinadi. Mushu bo'layotgan ishlar va bu kundalik talash tortish bilan bu shuni qilolmaydi. Shuning uchun qarindoshlarimizning qo'lida belgi bo'lsa, biz tarixchilarga murojaat qildik, shu xalqaro qonun guruhiga hamkorlashinglar deb. Ko'nglim yerim oldi shuni ifoda qilishim kerak. Tarixchilarimizning jiqnasi chiqmadi.
Andımında material çıktı, nasıl çıkmadı, ümitsizlendik. Bombası bunda sozalmadı bu. Qarasak nəhayət gapni ço'ng qilamiz, ammo belge, hujjat nimasi kelganda jiqnas chiqmadi. O'rta Osiyodan tarixchilarimiz va Rossiyani arxivida u va bu va dedik, Yaponiyani arxivida Tayvan dedik va hammaga murojaat qilib, bizning kuchimiz yetmasa kuchaytiradigan xalqaro mutaxassislarni ish qilib, shu 60 ming dollar pul xarjlanib qoldi. Bu quruq gap bilan bo'lmaydi. Sharqiy Turkiston davosi bundan keyin ko'chalardagi namoyish bu ishning eng oddiy, eng kichik, eng bo'lmasa bo'lmaydigan qismi. Norozilikning ifodalanishi. Ammo buni qonuniy siyosiy asosga o'rtog'izib Sharqiy Turkiston davosini qonuniy jihatdan ham siyosiy jihatdan Xitoyni siqishtirib, shu mustaqillik huquqini oldigan bu kurashda hamda bizga shunday mutaxassislar, shunday belgilar kimdan bo'lsin. Bu narsa bizga lozim. Shunlashqa qarindoshlarning mandaq narsalarga diqqatni chetishi mencha qanchalik to'g'ri buni bilmayman. Agar shunda u bo'lsa cho'qim buni oshkorlash kerak. Qurultay ijro komiteti raisi dedi, buni surishti qilamiz deb. Qurultay raisiga chaqirganmiz bo'lsin Germaniyada. Mayli qanday rangli sandiq bo'lsin, Sharqiy Turkiston buni taqdirga munosib nim bo'lsa, bu shaxsning mulki emas, millatning mulki, davoning mulki. Shunlashqa shuni nim qilib berish kerak. Hozir uning ehtiyojimiz bor. Endi qarindoshlarni nim qilganimiz buni shunday bir talashda nuqtasi aylantirib, xalqning mengisini qaytib turg'avishligicha bu qurultayning ichki qismida buni nim qilsa, men ham yaxshi natijaga ega bo'ladi deb qarayman. Xo'sh. Herhalde bu sualın devamı var. Abay degandek qarindoshlar bir yig'inchoqlab bir savol so'rasanlar rahmat. Davom qiling. Endi hozir men ikkalamniki gapini oldim. Rahmat bergan javobiga. Mehmet To'xta efendim dedi, Ömer Xatay hakimimiz derişik dese biz paranlaştık, bunda bir iş bo'lganmiz bizga deyapti deb. Belki bu shundoq tema to'g'risida paranglashgan bo'lishi mumkin va yoki paranglashmagan bo'lishi mumkin. Endi bizda mana bir ish bor, ilgirki bizning da'vo beshliklariniki ish izlari yozilgan kitoblarni o'qimay turib, ularning qanday da'vo qilganliklarini biz bilamiz. Uni qanday maxfiyatda qanday narsa yozilganligi. Hozir Mehmet To'xta efendim dedi, men undan narsa ko'rib boqmagan, qarasandiq anglab boqmagan maxfiyatni bilmaydi ekanman deb. Undan Mehmet To'xta efendim Isa Yusuf Altekinninki erknarda ish yozgan yaxshi bilirki, onun yozgan kitobini o'qib beqibdi ekan. Isa Yusuf Altekin yozgan kitobninki asr doğrultusunda kitobning 501 betini iç baksın. Aşağı yaxshi bu to'g'risida Isa Yusuf Altekin shunda bu to'g'risida isbot bergan. Aşağı hujjatning borlig'ini Allah xolisa buni nashr qildirib taqdiman deb üstündeki irodasini kitobni bildirgan bu narsalikni. Buning nima deyapsiz buningga? Undan boshqa Umar Qol Turkiyadagi Isa Yusuf Altekin vaqtini urg'uchisi. Shunga telefon qilib Nahmaydan so'rasa, uni deydi, bunda hujjat kitoblar bu narsa aniq yozilgan. Bu Uyg'urlar nima uchun kitob o'qimaysizlar sizlar deydi. Bu Isa Yusuf Altekinninki biz chiqqan asr doğrultusida kitob Uyg'urcha tarjima qilinishi kerak. Da'vo beshik odamlarning hammasi bu kitobni o'qib chiqish kerak. Bosh kitobninkida bu Sharq Turkistonliklarninki jumla Uyg'urlarninki bir haqqi deydi. Bu Isa Yusuf Altekin nima bermagan bo'lg'aydi millatga uni men bilmayman. Bu qarasandiqda bor deb men angladim shu qarasandiq qayerga nerga bu tepish kerak deydimda. Hozir Mehmet To'xta efendim deydi. Unda o'lcha toqqas bizga andaqda mandaq gap burmacha yo'qlab ketdi. Chiqib aytganda qarasandiq bor yo'q emas. Uni Isa Erkin Altekin debdi Turkiyadagi biz qarining uyida bor ekan. Bizim bir cemiyetininkine. Şununla darısı varsıqış hukukunu birikti ekan. Undas varsıqış hukukunu bilganken dünya Uyghur qilib o'tkazib turish kerak bu narsani uchun. Isa Yusuf Altekinning shaxsiy zimminning da'vosi bo'lgan bo'lsa, bu o'zing ayrim masala. Men Sharq Turkistonning da'vosi bo'lgan buni millatga birish kerak. Naval bo'lmasa Isa Erkin Altekin ekranga chiqsin. Abdurrahim aka, nima? Manas hal qilaylik. Hamisha boshqa savolingiz bormi? Ma birinchi ikkinchi savolim bor. Ikkinchi savoli 2018 yıl 2019 yılı 10. ayninki 11. aydımı şu Belgiyada Dünya Uyghur Qurultayıninki rahbarligida Belgiyada bir yig'in ochildi. Yani Uyghur yoshlarni tarbiyalash kursi, shu kursga men borgan qurultay tekshirgan buning uchun rahmatini bildiraman. Shu Do'lqin Isa hakimizda Umar Xon hakimizda ayrimman paranglashgan. Biraz saatlik paranglashgan Umar Xonning isidi bor. Bular meni qilayotgan faoliyatlar yuksak baholarni bergan. Men bu qurultayninki faoliyatini izchil qo'llab, har qanday faoliyat ovoz xatini bildirib, Amsterdam dam maydonida dunyoning har qaysi yeridan kelgan sayohatchilarga qo'l qo'ydirib kelayotgan jazolarga taqash haqiqiy narsani musobaqa ko'rsatgan. Buni Dunyo Uyg'ur qilgan raisi Do'lqin Isa hakimiz o'zi ko'rib, ashundagi xatoliklarni tuzib
deb müşbet yapmasan buludu. Ma bu narsani vaqti kelganda biz Birleşken Devletler Teşkilatı bilen Avrupa İttifakı Ali Komiteti bunu birlik sunaylı depdi. Sunsan buludu. Men hemmene tayyorlab beraman. Bu narsa meniki emas, qurultayning nomida borsin deb shunda nima naq maydon so'yapsizmi? Dolqin Isaqov telefon qilib bizni qo'llaydi qolgan bildigan. Ammo men buni necha ming imzo qo'ydirib, tayyorlab BDT'dan Avrupa İttifakı evet bir vaqtida qurultay desam, hech kimni buni tinishmadi. Dastlabki shu qo'llagan shu Amerikaning qo'llaqasligini. Ya'ni bugun kuni kelgan shu to'rlarda men yozdim. Yozishim hargiz qurultayga qarshi bir narsa emas, lekin qurultayga monopollikqa aktivistlarning faoliyatlarini qo'llab Men qayta ta'kidlay, rahmat. Ini savolni so'rayman. Amerika buni javob berdi. Buning surishni qilib berishini so'rayman meniki bu gapim tugidamda. Rahmat sizga. Bo'ldi, rahmat. Men uninki cho'qim surishtirishni qilma. O sizning qo'lingizdagi hozir demak sizning qo'lingizda shu lagerga qamalganlarninki tizimligi bor. Shu tizimlikni Dunyo Uyg'ur qurultiyi Birlashgan Davlatlarga buni akirimiz degan yetkazib beramiz degan shuni yetkazmadi demoqchi bo'lyapsiz. Nima men uchratganda qayta olaymi? Tamam. Bizga telefon qilma. Ma'qul. Okay, bunun demek başka cevap yok şunamı. Qarindishimizning degiga men gapni qachon bo'ladim, agar shundoq bir sanduq bo'lsa, qurultayning mulki, da'voning mulki. Qaytarib turish kerak dedi, qonunga qarindishimiz boshqa tushunadi. Okay. Menda başka bir qarindishimiz savol so'rag'isi bor ekan. To'g'ri. Ilm atadi. Assalomu alaykum qarindishim, ismingizni deb savol so'rasangiz bo'ldi inshaalloh. Rahmat. Va alaykum assalom. Mening ismim Bilal. Mening ikki savolim bor edi. Shu dunyo qurultiyining nimasi turib javob bergan bo'lsangiz shunda. Hamdi. Bo'ldi. So'rasam bo'lamdi ya? Albatta. Birinchi savolim shu hozir imzo faoliyati deb imzo bo'lyapti-ku. Şunun qanday dunyo qurultiyini o'rgatish deb qaramsizlar deb shuni so'ramoqchi, chunki ba'zi kishilar Facebook'larda bo'lamdi, ba'zi mushalarni inkaslarda masalan. İşte dunyo qurultiyini o'rgatish maqsadi yo'q deyapti. Ular o'rgatmaymiz deydi. Unda emas deydi, lekin sizlar shunday deb qaramsizlar, ya'ni dunyo qurultiyi shunday deb qaramdi. Anonkin ikkinchi savolim, biroq so'raydi, ya'ni. Sizlar deyotgan, sizlarga hujum qilayotganlar bilan ekranga chiqishni xohlamsizlar. Unda bo'lganda, chunki har ikki taraf bir yoki paranglashganda hamki boshqalarning orasidagi xushmasliklarni tugaydi uchun. Undan keyin ba'zi o't qo'yroq qilayotgan yolg'on savatlarni u joyda oqmaydi. Shunga shuni so'ramoqchidim. Undan keyin men nimaga Ömer Kanat efendimge bir tavsiyem. Nima xato yer bo'lsa tuzib qo'ysanglar bo'ldi. Bo'ldi. 5 iyul voqeasi deb qolmas. Shuni qirg'inchilik degan bo'lsa. Ya, başında ma'qul. Bo'ldi. Ya, ma'qul. Rahmat sizga, rahmat. Buyurun. Bu albatta endi bu nima imzo masalasini dedi qarindishimiz. Albatta endi bir tashkilotni men inkor qilmayman. Bu tashkilot menga vakillik qilmaydi. Biz dedik bayon Mehmet To'xta efendim deb o'tdi. Bu shundoq bir halqaliq paytda Xitoy bir tarafdan hujum qilayotgan, Xitoy dunyo Uyg'ur qurultiyini Uyg'ur xalqiga vakillik qilmaydi deyotgan. Onun dikise mustaqil Uyg'ur sotining uninki hukmi ish qandaq nimaga arzimay davatgan chaqda bu ba'zi qarindoshlarning chiqib bundaq bir nima imzo harakati boshlashi albatta bizni nayta afsuslantirdi. Chunki biz shularninki uning o'rniga chiqib biz bilan hamkorlashib ya to'g'ri yo'lda, nima yo'lda kelib, manda xatoringlar va mani tuzatishinglar kerak desa, biz ular bilan bir yerga o'ltirib, gaplashib, buni tuzatish mumkin. Xalqimizning hozir birlik, barobarlikka shunda ehtiyoji bor. Chunki
biz hamma kuchni birlashtirib Xitoyga qarshi turishimiz kerak. Xo'sh, Dunyo Uyg'ur qurultiyi inkor qildi. Albatta buning bilan Dunyo Uyg'ur qurultiyi biz o'rib etdi deb hech qanday andishimiz yo'q. Uni bir boshda deb qo'yay. Chunki o'rib etish, niyat o'rib etish bo'lsa-mu, biz unda o'rilib ketmaymiz. Biz faoliyatlarimizni xalqimizga bo'lgan ishonchimiz va xalqimizdan olgan kuchimiz va shunga tayinib davomlashtiramiz. Bu 10 necha ming kishi bo'lishi mumkin. Hozir vatan sirtida 1,5 milyon, 2 milyonga yaqin insonimiz va bizni qo'llayotgan nihoyat bir keng xalq ommasi va silent majority deydi. Jim to'g'an ko'plik va jimjit to'g'an ko'pchilik va biz shuningga ishonamiz. Ham qilgan ishimizga ishonamiz. Hech qanday bir xato nimasi yo'q. Xato yeri bo'lsa dedik, tuzataylik. Albatta buning tanqidlarini anglaymiz. Tanqidlarni anglab, darhol javob bermasakmi, ashyalarni tuzatmaymiz biz. Ammo bunda bu harakat hozirgacha bo'paqmidi. Biz Sharq Turkiston surgunda hukumat qurilsa, surgunda hukumatni e'tirof qilmaymiz deb bir kampaniya boshlatganimiz yo'q. Bizga shunda qarshi guruhlar chiqsimi, biz guruhlarga qarshi biz bularni inkor qilamiz deb inkor qilgan yerimiz yo'q. Buni inkor qilamiz. Mushunda kampaniya boshlatgan yerimiz. Hatto Sharq Turkiston islomiy harakatiga qarshimi bundaq bir shundaq o'zimizni qochirdigan bir vaqtlar bo'lgan bo'lsa-mu, ularga qarshimi bunda nima qilgan yerimiz. Hech kim bir harakat qilib baxmidi. Mushundaq bir ahvol ostida bu qarindoshlarning ba'zilariniki bu shunda bir harakat qilishi albatta bayam deb o'tganimdek bizni bak afsuslantirdi. Bu albatta mushuni maqsad qilmasam nimani maqsad qildi deymiz hamda. Bu Dunyo Uyg'ur qurultiyini o'rganmaydi, lekin o'rish niyatida bo'lmasa bular deylik bizning Dunyo Uyg'ur qurultiyini o'rish maqsadimiz emas. Nima amsa maqsad? Buni desanglar bo'lmadi. Ko'rsatgan ashadagi nimalari bilan, sabablari bilan Dunyo Uyg'ur qurultiyini biz inkor qilmaymiz deganlik, Dunyo Uyg'ur qurultiyini o'riymiz deganlik deb qarash kerak. Ammo ba'zi qarindoshlarimiz degandek samimiy nimada o'zlarining fikrlarini o'ttirib qo'ysa, Dunyo Uyg'ur ularning tanqidlarini anglaydi dedik. Ammo bundaq bir kampaniya bo'lishi xalqarada yaxshi bir ta'sir qo'zg'amaydi. Uyg'urlar bir-biri bilan chiqishamaydi ekan deydi. Na Xitoyninki aramizda bo'lgan bo'lsin bo'ladi. Ammo na Xitoyninki nimasiga yog' suradigan bir masala bu. Chunki boshqa dunyoda shunda Uyg'urlar bir-birisi bilan kelishamaydi degandiki, bu yerda nurg'un xalqlarninki qallasida bir qaymoqish bo'ladi. O'zimizning xalqimizning qallasida emas, balki sirtdagi insonlarninki bizga yordam qilayotgan insonlarning qallasida bir qaymoqish bo'lishi mumkin. Ammo Dunyo Uyg'ur qurultiyi mencha u yerlardan o'tib ketdi. Dunyo Uyg'ur qurultiyi hozir xalqaro e'tirof qilgan bir tashkilotga aylandi. Xalqimizni e'tirof qilgan bir tashkilot, dunyo e'tirof qilgan bir tashkilot. Xitoymi naq mushu Dunyo Uyg'ur qurultiyi yo'qotsa, Sharq Turkistonni mustaqil qilsa, mushu qila oladi degashga har jihatda bizga qarshi chiqyapti. Masalan, Dunyo Uyg'ur qurultiyini har qanday nimasi oqisda Xitoy to'sqinchilik qilyapti harakatlarga. Boshqa bir yerda biz uni ko'rmadik. Men shunda bir Turkiyaga berib Türkiye'de bazı insanlar bile, bazı hükümetini bile körüşüp kaldığı için arkadan Xitay elçisi şulağı gelip bu Dunyo Uyg'ur qurultiyi mandak, Dunyo Uyg'ur qurultiyinde muşunda teşkilatlar size görüşlemsiler deb biz bile hatta görüşüş nimizlerinden tosaş kıtırıştı. Hatta Tashqi ishlar ministerligini mecbur kıldı Türkiye'ninki. Ministerlik başka yerlerge uqtirish evatib, başka ministerliklarga, hatta milletvekilleriga uqtirish evatib, Dunyo Uyg'ur qurultiyi Xitoy mandaq nima ko'rayotgan bir tashkilot. Bu tashkilotning har qanday nimasi bilan ko'rishligan bo'lsanglar, nima bo'lsanglar, bizning avval xabarimiz bo'lsin. Men tunji qatim meni ochiq da'vatim. Bizning xabarimiz bo'lsin. Bizdan so'raqsiz, bizdan so'ramay turib, ular bilan ko'rashsanglar bo'lmaydi degan uqtirishni avatdi. Ya'ni shu darajada Xitoy muhim deb qarayotgan bir tashkilotni biz hozir Mavi sebepten sebepler naiti bir yerde bayam dep öttük. Bular hemmisi bilüglük bunu. Biz nemiş ki şundak mangallığımız ne?
Nimişki bu davani bundaq ilip bu strateji bilan ilip manğanlığımız ne? Nimenin mümkün bolğanlığını, nimenin mümkün bolmaganlığını hemmisi bilýärdik. Benim degenim bu, oy biz bilen köreşsek, köreşken çağımızda her qandaq döwlet nimesi bilen köreşken çağımızda Şarkı Türkistan dep sözleymiz biz. Üyägi biz Uygur rayonu dep kirgen bolsakmı, işkiri kirip sözleşken, söhbet kılgan çağda hiç kaçan Uygur rayonu ya Şinjan Abdunum rayonu demeyimiz üyäde. Üyäde deydigan gap bu hemme rehberlerinin devridi boldu. Rabia Hanım'ın devridi şu. Hiç kaçan Rabia Hanım kopapsa bir yer verip Şinjan Uygur Abdunum rayonu demedi. Ya Dolkun Eysa demedi. Ya men demedim. Her kanda hiç kandak bir rehberi bir yer kirgen çağda onu özümüzge hakaret dep bilimiz. Ve şununla bu her kandak ya da Şinjan azsallık millet ya o bu diyen nimege derhal Dünya Uygur Kurultayı inikas kaytırıvatımız. Sizler bunda demenla bu azsallık millet emez. Biz özümüzdeki devlete de köp sallık. Xitayning bu nimesi gibi biz kubul kılmayımız. Şinjan dese Şinjan demenla. Şinjan degende Uygurlar bir hakaret dep qaraydı Şinjan degenge. Şununla Uygurlarını rencitmeyimiz desenler bunu Şarkı Türkistan dep atanladı. Hiç olmasa bu yamancık yakettim oldu. Rahmet sizge. Bay degende kıyındaşlar telefon kılman sanla başta mesaj yazınla WhatsApp'tan yoki signaldan andinkin sıra boyunca alama, nöbet boyunca alama. Arslan kardeşim şu nimaga imzo akademiyani ochib fikrim bor da men shu qisqa Buldu. Qarindoshlar bu imzo masalasiga ba'zi qarindoshlarimiz qurultayga bo'lgan xafaligi yoki tanqidiy nuqtasidan qarayotdi, lekin bundoq emas. Imzoni loyihlaganlarning maqsadi u emas. Shunlashqa bu yerda tanqidiy fikr bergan, qarshi qurultay qarshilik qilganlar bilan ma imzoni boshlatganlar. Bu qurultay Uyg'urga vakillik qilmaydi degan imzo bu. Qurultay Uyg'urga vakillik qilmish kimga vakillik qildi? Uyg'urning orzusi mustaqillik qilmisi nima? Dunyo Uyg'ur Qurultayı dal Uyg'urlarning va Sharqiy Turkiston xalqining mustaqilligini amalga oshirish uchun kurash qilyapti. Xitoymi shuni bilyapti, Ömer dedi. Shunlashqa bu birinchi nuqta. Bu yerdagi Uyg'urga vakillik qilmaydi degan gapni men qat'iy rad qilaman. Dunyo Uyg'ur Qurultayı hech kim bu gapni deyishga jur'at qilolmasligi kerak va qilolmaydi. Unda odamning biroz qallisligini da'vo deb qarayman bu bir. Ikkinchisi hozir Xitoylarning ilib berayotgan tashviqotlarida Uyg'urlarni chuvalchaq ko'rsatish, bu Uyg'urlar davlat boshqarish emas, tashkilot boshqarolmaydigan millat. Hukumat qurish emas, hukumatning nimaligini bilmaydigan millat. 5-6 hukumat bor degandek Uyg'ur tashkilotlarining yuzini to'kish uchun bahona topolmay to'g'an mezgilda shunday narsalarni o'tirib chiqishi Xitoyning neniga yoqsukaydi. Shunlashqa buni qilayotgan insonlarning men niyatidan haqiqatan jiddiy darajada shubhalanaman va gumon qilaman. Shunlashqa bu masala mening uchun bunday oddiy masala emas. Anadan keyin qurultayni o'rtamaydi, mumkin emas. Qurultayni o'rishga bularning kuchi yetmaydi. 2 ming emas, hali odamning kuchi yetmaydi, chunki qurultayni qurganlar bedel to'lab qurganlar. Ota-onasining urug' tuqqanlarining hayotini bedel septirib turib, bu vatanning mustaqilligi uchun bu yo'lga chiqqanlar. 30 yildan beri ko'maganimiz qolmadi. Shunlashqa uni unda qilolmaydi. Endi o ekranga chiqish masalasida hurmatli Ömer Qanat biroz atlab ketdi. Agar ularning niyati to'g'ri bo'lsa, unga ekranga chiqib har qanday odam bilan paranglashimiz. Lekin nimani paranglashimiz ular bilan? Ular qurultayning eng asosli g'oya bayonoti yoki mission statementga Sharqiy Turkiston xalqining eng oliy manfaatiga vakillik qildi degan nimasini inkor qilgan odamlar nimani paranglashsiz? Agar qurultayni xatolik bo'lsa, uni paranglashaylik. Qurultayning g'oyasi Sharqiy Turkiston xalqining eng oliy manfaatiga vakillik qilib, Sharqiy Turkistonning mustaqilligini amalga oshirish. Buningga xalqqa vakillik qilmaydigan odamlar nimani paranglashimiz? Shunlashqa bu masalada qurultaylik boshqalar nima deb o'ylaydi, uni bilmayman. Xalqlar bilan men bu imzoni loyihlaganlarni orayman, imzoning kaynida turib shu Xitoy bilan o'xshash gap qilayotganlarni men orayman. Shunlashqa mushunda xalqlik paytda aziz xalqimizga bizning chaqiriqimiz qurultayda xatolik bo'lsa tuzat. Sening vazifang qurultay xalqni qurultay. Agarchanda qurultay yetarli qilmagan bo'lsa, qurultaydan oshirib qil, biz son qatnashaylik. Ammo hozir mushunda qilayotgan tashkilotni xalqqa vakillik qilmaydi desang, u vaqtida doktorga va doktor ko'radi. Rahmet, yana bir sual baki. Kardeşim siz kim bulsanız sualınızı sorsanız buldu. Rahmet.
Assalamu alaikum Arslan, Mehmet Aleyküm Doktor selam. efendim, Ömer Kanat efendim. Bana şu vakit hayırlı olsun. Ben Dilyar Musa Bay. Programını yapayına yapıyor vatime ve kıyadi sözleşimizde Mehmet Doktor efendi diyen temanına geldim şeyde sözleşimiz. Asli deydiğin gepekçe hem de imzanı toplaşta bu efendi halkının madde teşkilat mavekillik oldu, madde teşkilat mavekillik kılmayı değiş hukuku var. Eğer de Kanada'da durup demokratiyanı ügenmegen olsa, azrak ügense o yerini bülüdü. Hem de asli deydiğin gepekçe ama programın vaktini alması için ben işkiyle efendimden bir dilli sual sorayım halas. Ağan gepni imza toplanğandan keyin değişimiz. Aldı bilen. Ömer Kanat efendim abay dedi ki, Şarkı Türkistan sürgünlük hükümeti kurulğa vaktada erken alıp dikin efendim Enver Yusuf efendi öyle söz düşüp bu işini kırıverse kollaydıqallığını digenti dedi. Doğru abi. Andekinti hazır dedi ki biz başka sürgünlük hükümetini inkar kılmayımız degen gapni kımıdı o. Bizni inkar kılmay işini kısı buluyordu dedi. Ama bu gepe yalgan. Yani Şarkı Türkistan sürgünlük hükümeti 2014 yıl 9. ayının 14. günü kuruldu. 2014 yıl 9. ayının 14. günü kuruldu. 2004 yılı 9. ayının 21. günü Dünya Uygur Kurultayı'nın bayanatçısı Dilşat Rişit Şarkı Türkistan sürgünlük hükümetini tanımayımızda BBC'nin Xitay kanalına bayanat verdi. Ömer Kanat efendim bilmişse eşeğini bir izlep baksın. Hem de benim Ömer Kanat efendimki sualım şu bek adlı. Abi bir şeyde biraz demagojiye oynamakçı oldu. Yani bu insanlar neymiş ve Uygur meselesi Şarkı Türkistan meselesi böyle ayrım deydi. Uygur cisnemiş ki nefretlindi de halkın hissiyatı öyle oynadı. Benim Ömer Kanat efendimki sualım şu. Neymiş gün Erkin Ekrem efendim yıllardan bu yankı videolarda, sözlerde Şarkı Türkistan meselesi ayrım, Uygur meselesi ayrım deydi. Bununla siz ne mi değilsiniz yani? Bu mu Uygur'u da nefretlenemdi? Ya nefretlenmeydi. Mehmet Usta efendim kanuni Nursul Nazım Kurultayı'nın nimisi, kanuni vekili ve kanuni vekili yakşı bulduğun dek turda abayına yer karşısak. 2007 yılı çıkan Birleşken Devletler Teşkilatı'nın Indigenous People'la kanununun 3. 4. ve 46. maddesi nimdeydi. Mehmet Usta efendim. 3. maddesi de Indigenous People'ların öz takdirini öz belgeçi hukuk vadeydi. 4. maddesi de Indigenous People'ların öz takdirini öz belgeçi hukuku işki abdonomiye alıdığı hukuktaydı. 46. maddesi de Indigenous People'ların özü turvatkan devletinin ilgilik hukukunu parçalaş hukuku yok deydi. Çünkü siz köygen Indigenous People ya başkaça asmandan üçge Indigenous People mu? Kandaksiga Indigenous People'ның müstakillik hukuku var deysiz. Sualım şu. Yani Nuri Türkel efendim böyle sözleşip baktınız mı bu temini ya sözleşmeyi çıkıp özünüz devam siz rahmet. Sualım şu şekilde. Rahmet sualınızga. Okey, başka. Rahmat nayte yaxşı sual so'radi. Bizniki biz meninki bilgim dairesi ichida biz deganimdek Enver Yusuf efendim bilan uzundan beri hamkorlashib kelgan. Nima qurildi? Qurilishning sabablarini dedim bayam. Nimishki bundaq ixtilof chiqdi? Bu nimada hech qachon biz Dünya Uygur Kurultayı bulup mening bilishimcha belki ben u chog'da 2004'te tam rahbarlik nimasida emasdim, radioda ishlayotgan chog'im meningki diqqatimdan qochgan bir nima bo'lgan bo'lishi mumkin. Ammo Dünya Uygur Kurultayı'nınki hech qanday yig'inida, hech qanday suhbatida, hech qanday bir qaror olgan mexanizmisi ichida men boyada Enver Yusuf'ninki hukumatini inkor qilib biz faqatla Enver Yusuf'la birlikte bir faaliyet qilmadik. Çünkü o hükümetni sırtqı çıkıp biz inkar qilmadik. Biz inkar qilmaymiz ma hükümetni. Sizlarga o'xshash ma Dünya Uygur Kurultayı'ni inkar qilamiz degandek biz chiqib Enver Yusuf'ning kelimasini inkar qilamiz deb xalqaroga baqirmadik. Hech qachon boshqa davlatlarga berib bu hukumat emas biz inkar qilamiz demadik. Meningki qatnashgan hindimamda o'zim buningga javob bera olmayman. Çünkü biz dedik bo'pti ulama qilsin. Erkin efendimning shu chog'da bergan direktivi shu bizga. Bo'ldi uni nima bilan biraz aytishmoq. Mangla çünkü
Enver Yusuf kararını verip boptu bu hükümetine kuruş doğrusu da. Biz dedik şu çağda ya siz aldığında alsınız bulmamda bunda bulmaslığı gerekti bu işte. Desek Erkin Alptekin efendim dedi. Ufkam o kararını verip boptu. Ona tok tutuşma mümkün emez. Şununla biz işimizni kıp ketivereyli. Ulamı işini kıp ketiversin. Şununla boptu sen hükümetini kurup manıyla dedi ok dedi. Şununla bir yerde bizninki meniki berdiğin cevabım bu şu. İkincisi bir sual. İkincisi Mehmet Tohti efendimge Ya indigenous. meniki yani bir nim bat. Ha, okey. İkincisi bir söz kalgan. Tekrar vermiş gün sualım ne? Erkin Ekrem bile münasır. Erkin Ekrem. Ha, Erkin Ekrem, okey. Biz Şarkı Türkiye o Uygur elbette. Uygur emas demeydim. Uygur öçmenligi qımmawatıda. Sizlerge okşaş öçmenlik qımmawatıda. Çünkü o davatıda Uygur meselesini kötürüp çıkıp onun nimesi de bizninki zemin davamız var. Bu davanı bunun ile birlikte elip manımız. Erkin Ekrem'nin davatkan gibi o Uygur meselesini kötürüp çıkış arkalık Şarkı Türkistan davasını Uygur kimliği aslında Şarkı Türkistan davasını halkaralaştırdık davatıda. Biz onunla Sualım bu emas. Mening sualım siz abay dediniz yani bana fikriniz var ki ben Şarkı Türkistan meselesi ile Uygur meselesi ayrım. İkisi iki xil narsa dedim ekranda. Ve mesele Şarkı Türkistan davası olup başlangan ve Uygur davası burmulandı dedim. Siz dediniz ki Uygurlar bilen bunun nimi acaba nimi nefretlendi dediniz. Ama mina sizge davat benim Erkin Ekrem efendim bana okşaş yapıldı. Şarkı Türkistan meselesi başka, Uygur davası başka değilik yıllardan beri. Ama bir yaptığımızda mı Dünya Uygur Kurultayı sürgünlük hükümetini inkar kılmadık dünyaya çıkıp dediniz. Ben zaten sizlerin sürgünlük hükümetini inkar kılıp belgen bayanatlarını çıkarıp koydum sonra. BBC'ga sürgünlük hükümetini tanımayımız deyip 2014 yılı Dilşat Reşit'in belgen bayanatı var. Şuna bununla kim rast yapatır, kim yalan yapatır, halk bahasını verdi. Sizlerin vaktınlarının ağım yok. Fakat Mehmet Tohti efendim abiyam sualımı cevap verse rahmet. Ben başka sual bak yerindeşlerden vaktini almak. Mecuk ettim yerindeşler rahmet. Mehmet Tohti efendim cevabını bes buldu. Rahmet. Halk bahasını verdi köygen. Rahmet Allah'a emanet. Köp rahmet. Ben sualınızga şuna cevap vereyim. Ben kiley, Ömer bazı nimeler dedi. Ve Şarkı Türkistan Uygur degen mesele hakkında bek turup ketke okşaysız. Mening sizge nisbeten çok açığım var. Mani oçuk dep koyay. Bulupmuş vatan davası beriyotgan ziyniniz. Hazır Xitayning bergen ziynidan bek kalışmaydı. Şunun için niyetinizden bilgini bilmeyim. Ben sizni davası peki ben katnaş kılızım buldu. Ben sizni anlap bakmak dikemem. Ama ahir kısmınız tunuşluk. Şunda boğaçka men bu bergen cevaplarım sizge boğan mening açığımdan ayrım şu neme taraftan hissiyat duygularımni besavagan asasda berilgan cevap qandaqda açığı bilen berde deb cevap qaraman. Bu Dünya Uygur Kurultayı kurulganda bu Şarkı Türkistan müstakilligini amalga oshirishda belgilik bir stratejiyani biz deyishgan. Eng dastlabida Şarkı Türkistan meselesini xalqaralashtirish. Bu. Çünkü Xitayning 1997 yılı e'lon qilgan 7 nomerlik hujjatida Xitay şu barliq diplomatik ve barliq omillardan foydalanib Jiang Zeminning boshchiligi chiqqan 7 nomerlik maxfiy hujjat Şarkı Türkistan meselesini xalqaralashishning oldini olish deb davlat siyosat bekitgan. Şonlashqa qo'shni davlatlar bilan birlashib Shanxay hamkorlik tashkilotini qurdi. Bu qo'shni davlatlardagi Uyg'urlar yashaydigan Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekiston va boshqa yerlardagi Uyg'ur tashkilotlarida Sovet vaqtida faoliyat qilib kelgan Uyg'urning yani organlarini taqidi, gazetlarini, televizorlarini nurg'un qarindoshlarimiz shahid va'da berdi. Shu Xitoyning Sharqiy Turkiston masalasining xalqaralashishni oldini olish uchun ilib borgan barliq chora amallarni ishga solishidan bo'ldi. Anadan Türkiye'de 98 yılları şu Mesut Yılmaz diye adam baş ministerdi. Uqtirish çıkarıldı. Şarkı hiç kandak Türkiye Cumhuriyeti'nin devlet organları ve hiç kim Şarkı Türkistan faaliyet hiç kandak yayı bağmaydı da. Bunu Ömer Kanat efendim yaxşı bildi. Xitay top yakın şundaq bir narsadan qilgan mezgil şu mezgilde. Anadaki 11 sentabr vaqa geldi. Ben biraz deppadim onu. Mushuna mezgilde Şarkı Türkistan degan gapni deyish
Mushu gap bilan Dunyo Uyg'ur qurultayini o'tirg'i chiqishi xili bek jasorat talab qiladi. Chunki Xitoy Sharqiy Turkiston bilan terrorizmni birlashtirish uchun Sharqiy Turkiston islom markazi degan bir narsani o'ydirib chiqib, mushuni butun dunyoga Sharqiy Turkiston degan ism bilan terrorizmni tang bog'lab, Sharqiy Turkiston tang terrorist tashkilot mashundoq qilib bordi. Shunlashqa bu mezgillar kelganda bu Xitoyning butun zulmining qurboni Uyg'urib keldi. Sharqiy Turkistondan iborat. Bu vatan mustaqilligining davosining qonuniy va har xil mas'uliyati Uyg'urning zimmasiga tushdi. Bedelni Uyg'ur to'ladi. Shunlashqa Uyg'urlarning shu to'lagan bedeli, Uyg'urlarning Xitoyning zulmiga uchrayotgan shu nimalarni bir nima qilib turib, dunyoga shu bo'yicha chiqdik biz. Ama hozir bu Sharqiy Turkiston masalasi xalqaralashdi. Endi ikkinchi bir qadam bosqich bilan ketib boramiz. Bu ishlardan sizning xabaringiz yo'q. 2004-yil bu masalalarni qanday deyishdik bu. Shunga mushaqqada qisqacha bir nim berayotay. Andan keyin Dilshod apandimning 9-yili bergan 2005-yili 9-yili bergan bayonida debsiz. Onunga men bir izoh berib qo'y. Balki Ömer Qanotning beradigan boshqa izohi bor. 2005-yil 9-oyda Dunyo Uyg'ur qurultayi Myunxda ijroiy komiteti to'plandi. Şu toplantıda men var, Ömer Kanat var. Türkiye'den kelgen ve dünyanın başka yerden kelgenler, dünyada bir şamal olup gitti, vay sürgündük hükümeti mümkün buluyordu ki o bu. Demedip kurultay sürgündük hükümeti itiraf kılmaydı o bu degende. Şu vakti da bizden algan bir kararımız var. O şu vaktlardaki kurultayına bayanatıdım var. Nime? Sürgündük hükümet kanuni resmiyetlerini bitirip kanunluk bir organga aylansın o vaqtida Dunyo Uyg'ur qurultayi bular hem her türlü hemkarlıkni ilib boradi. Lekin mazmuni shu tariqada. Balkim chiqib qolgan jumla bo'lishi mumkin. Shu nemada qaror oldi Dunyo Uyg'ur qurultayi. Shunlashqa Dilshod Rashid onda qaror olgan uni rad qilmadi. Dilshod Rashidning bergan bayonoti sürgündük hükümet kanuni resmiyetlerini püttemigen avvalda biz hemkarlaşamayız degendek bayanat o. Çünkü kurultayına ağın kararı var. Eğer Dilshod Rashid onu inkar kılgan biz o hata kılgan buldu. Çünkü kurultayına ağın kararı var. Eğer gereklisiniz Ömer Kanat o kararını siz yollap pes oldu. Endi Birleşken Devletler Teşkilatı'nın yerlik milletlerinin hukukunu garanti kılış hakkındaki nesini siz kanun dediniz. Hatalaştınız. O kanun emez. Birleşken Devletler Teşkilatı kanun çıkarmaydı. Birleşken Devletler Teşkilatı declaration elan kıldı ya resolution kararname çıkardı. Şunlaşka 2007-yıl 9-ayının 13-ni elan kılgan neme? Mana men hazır şu ekranga qarab turdim. Siz mi okun United Nations Declaration on the Rights of Indigenous People. Çıkmadı Mehmet. Ama elke men qayta share screen'ni nim qilsangiz men avatdim ku deyman uni. To'g'ri turgan men chiqaray. O'zingizdan ekranni qilmay, abay share screen orqali qilsangiz chiqadi. Siz o'chib ketdingiz, kamerani o'chiribsiz. Kamera degan narsa besatdingiz, yana chiqadi. Tamam. Tamam. Endi share screen qilsangiz chiqadi. Share screen'da entire screen'da bu nima hozir uni Shunday. Entire screen qilsangiz to'g'ri yaxshi. Chrome'dan. Bu qarindishimiz mushuning gapini dedi. Ekran chiqdimi? United Nations Birleşken Devletler Teşkilatı'nın torbeti. Ben başka yerden muammedim. United Nations degen logomu turdu. United Nations Declaration. Şunlaşka bu kanun depsiz, bu kanun emez. Kanunlu İngilizce law deydi. Bu declaration. Şunlaşka ben sözümün başına kirgende jakarname dedim. Declaration'ın Uygurca en doğru tercümesi belki jakarname oluşu mümkün. Anladığınız için siz 3. 4. maddelerine dediniz. 3. 4. maddeye barayın. Article 1, Article 2, Article 3. Article 3. Indigenous people have the right to self-determination. Period. Nokta. Yerlik milletlerinin öz takdirini özü belgileş hukuku var. Çıkıtvamayada. Ona kandak kılıdı, onun nurgun şekilleri var. Mayar ki mesela fakat medeni ya ki o ya ki bu hukukunu öz takdirini belgileş boyunca icra kılıdı emez. Cümlenin bir cümle var mıydı? Indigenous people have the right to self-determination. Şartsız, inik hüküm cümlesi. Bunu
Ba'zilar siyosiy o'z taqdirini o'zi belgilashi bo'yicha ishlatishi mumkin, chunki bu umumiy chiqqan ma'lum bir millat qaratilgan emas. Ba'zilar har xil shakldagi madaniy yo iqtisodiy yo boyliqlar u bo'lishi mumkin. Shunga bu umumiy narsa. Anadan keyin to'rtinchisi debsiz mana. To'rtinchisi shu men degandek optionlarni beradi. Onun da self determination deganda masalan avtonomiya o'z-o'zini bizni Uyg'urcha tushungan avtonomiya bilan Birlashgan Davlatlar Tashkiloti qo'llangan avtonomiya o'xshamaydi. O'xshamasligini shu Birlashgan Davlatlar Tashkilotining shu hujjatida autonomy deganning definitioni nima? Shu hujjatda bergan aniqlamasi bor. Shu aniqlamaga kirib, siz ingliz bilgan o'qigan odamdek qilasiz. Shu autonomy deganning shu hujjatdagi aniqlamasi nima? Yoki autonomy degan so'zni shu hujjatda qaysi ma'noda ishlatdi deb buning aniqlamasini topa olasiz. Eng oxirgi modda 46 men bayotimni deb o'tib ketgandim. Bu 46-moddaning bu yerga kirishida sabab bor. Lekin siz yana bir narsani nima qilibsiz? Bu declaration'dagi hech bir modda Birlashgan Davlatlar Tashkilotining nizomnomasiga xilof holda ta'riflanmaydi. Boshlandi buni. Ya'ni Birlashgan Davlatlar Tashkilotining nizomnomasida xalqlarning o'z taqdirini o'zi belgilash huquqi to'liq kafolatga ega. Endi bu moddaning bu yerda ba'zi nimalarning kirishini men bayotan shu so'zimning kirishida dedim. 2007-yil 9-oyning 13-kuni bu jakarnoma e'lon qilganda Kanada, Amerika, Avstraliya, Yangi Zelandiya qarshi turdi. Qarshi turganda Mushunda qalaymiqanchiliklar yolg'iz bu millatlarning yoki yerlik millatlarning mustaqillab zemini olib ketishlar masalasi emas. Asrlardan beri tuzilgan to'xtamnomalar va boyliqlar masalasi, nurg'un masalalardir. Mushunda qalaymiqanchilik chiqib miyaga shartlik holda ba'zi narsalarni qo'shib qo'ygan. Lekin bu shart moddalar qanday qo'shilishidan qat'iy nazar bu bir jakarnoma. Ya'ni bu bog'lig'uchi bir qonun emas. O yerlik millatlar agar mustaqil bo'laman desa, bu Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bu jakarnomasi ularni to'sab qolmaydi. Jakarnoma, declaration, Turkiyada deklaration deb ishlatiladi. Bir narsani bayon yoki e'lon qilish degan gap, yoki bir fikr bayon qilish degan gap Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bir o'sha narsani o'ttirg'a atgan, ya'ni davlatlarning foydalanishiga, u davlatlarning qo'l-putini bog'lab qo'yadigan kishan emas. Yoki yerlik millatlarning qo'l-putini bog'lab qo'yadigan kishan emas. Yerlik masalan Kanadadagi 3 territoriya va bular men mustaqil bo'laman desa, Kanadaning hech bir qonuni, bu jakarnomani bir yoqqa qarab qo'ying, Kanadaning hech bir qonuni to'sab qo'yolmaydi. Chunki Quebec 2 qatim mustaqillik referendum o'tkazdi bu Kanadada. Referendumda Quebec xalqini ko'p sonliga biz mustaqil bo'lmaymiz degan uchun yoki mustaqillikni yoqlamaganlar ko'p sonliqni egallagani uchun bu to'silib qoldi. Ya'ni Quebec xalqining mustaqillik huquqi bor-da. Bu yerlik millatning yo'qmi? Unda asholamdi. Bu vaqtida bu bir davlatning fuqarolariga siz sinib qarg'an bo'lsiz. Bu Birlashgan Davlatlar Tashkilotining bu jakarnomasi bu dunyodagi butun millatga o'xshash yerlik millatlar, dunyodagi butun millatlar o'xshash huquqqa ega. Bularning hatto o'zining taqdirini o'zi belgilash huquqi bor deb buni bu davlatlarga tanilgan bir jakarnoma, lekin bu qonun emas. Shularga sizning so'zingizdagi bu birisi bu jakarnomani tushunishingizda xatolik va ikkinchi bu jakarnomani qonun deb insonlarimizni xato tuyuq yo'lga yoki bularni qoymoqtirish uchun qonun deb atishingizda xatolik va buni qasddan qilyapsiz. Chunki declaration bilan law deganning farqini siz Avstraliyada turadigan nayt yaxshi bilasiz. Law degan rahmat javobingizga men yana qayta telefon qilishga majbur qoldim. Shu qonunni bir chiqarsangiz 4-moddasini bir o'qisak, unda atlab o'tib ketish bilan ish bo'lmaydi. 4-moddasini bir yeching. Undan keyin xalqaro qonun emas deyapsiz. Ya'ni men sizning xalqaro qonunni qancha tushundiğinizga rostdan men hayron qoldim. Siz bir Nuriy Turkal efendimden bir so'ram. Xalqaro qonun degan ikki asosiy nimadan tarkib topadi. Birisi Birlashgan Davlatlar Tashkiloti e'lon qilgan resolutionlarga davlatlarning imzo qo'yib qo'shilishi, bu uni xalqaro qonun qiladi. Ikkinchisi davlatlarning shu xalqaro nimaning masalan Birlashgan Davlatlar Tashkiloti e'lon qilgan resolutionlarga qarata bir-birisi bilan to'xtam tuzgunimi xalqaro qonunning doirasiga kiradi. Shuning uchun UN e'lon qilgan resolutionlarni
o xalqaro qonun kategorisiga faqatlik kirmeydi deseniz o endi hayran qalarlik iş oldu. Şuna 4. maddesini okuyun. 4. maddesi de hazır 3. maddesinin 1. cümlesini okudunuz mu? Ulanın öz dağdığın öz belgeç hukuk var dediniz. Cümle tügüdü. 4. maddesini okuyun. Indigenous people'la in exercising their right to self-determination, yani öz dağdığın öz belgeç hukukunu icra kılanda have the right to autonomy, autonomi hakkı var. Or self-government in matters relating to their internal and local affairs. Fakat özünün işki işlerine, yani öz dağdığın öz belgeçinin işki kılı var. Biz işki taşkı diyeni müstakillik. Ama indigenous people'ların hukuki autonomiye ve özünün işki işlerine başvuruş öz dağdığın öz belgeç hukuku var deydi 4. maddesidir. Bunun da ben ondan düşündüm. Nima ilk sualınga cevap versin başta. Siz yana gapni birovatsiz. Men 4. maddani siz telefonda qo'yib aytgandan o'qidim. Chunki siz 3. maddadagi keskin hukm bor bu yerda. Yerlik millatlarning o'z taqdirini o'zi belgilash huquqi bor. Nokta. To'xtang. Endi men gapimda hozir kelaman sizga yerga. Sual sordun mu? To'xtat, sual sorma, fursat berma inshaalloh. Sual javobni ilib ol, kim yana so'rasam bo'ladi inshaalloh. O'z taqdirini o'zi belgilash huquqi va nokta. Endi bu o'z taqdirini o'zi belgilash huquqini ijro qilganda option mandaq yo'llanma bor deyapti. Bu yerda siyosiy o'z taqdirini o'zi belgilash huquqini rad qilgan gap yo'q. Mandaq. Chunki bu umumiy narsa. Yani ma'lum bir millatga yoki ma'lum ya qartilgan narsa emas. Siz yana bu xalqaro qonunning bir tarkibi debsiz. Bu declaration. Bu declaration Birleşken Devletler Teşkilatı'nın nizamnamesi ve başka kanunlarının ro'yiga asasen çıkan. Çünkü mana 1. maddesi qarsangiz yerlik millatlarning bütün dünyadagi başka millatlarga o'xshash eng asosli erkinliklardan qanday foydalanish, bu foydalanishga huquqning asosi nereden oldu? Charter of United Nations, Universal Declaration of Human Rights and the other international law deydi. Xalqaro qonun bo'yicha Birleşken Devletler Teşkilatı'nın nizamnamesi bo'yicha ve şu kishilik huquq universal bayonnamasining şu 3 hujjatning ro'yi bo'yicha yerlik millatlar boshqa millatlar bilan o'xshash huquqqa ega deydi. Endi shu huquqlarni tizib kelganda artikel 3'te birisi yerlik millatlarmi boshqa millatlar yuqorida degan qonunlar bo'yicha shu o'z taqdirini o'zi belgilash huquqi bo'lgandan keyin yerlik millatlarning bor bu deydi. Chekitni qo'yib, anadagi uni har xil shaklda nima qilsa bo'ldi deb optionlarni tanlashlarni beryapti. Siz bunu yerlik millatlarni hammasini o'qidim, 3 qatam o'qidim. Siz degan 46 maddani men dedim, 46 maddaning qo'shilishida Kanada, Amerika, Avstraliya qatorliq davlatlarning 2007 yıl 9. aydaki neslide bu 46. maddamında kengaytilgan emas, keyin kengaytildi o. Çünkü qarshi turgan millatlar, biz yerlik millatlar bilan 30, 40, 50 yıllardan şu nurg'un to'xtamlarni tuzdik, yer to'xtamlarimiz tuzilgan, hamma narsa nim bo'lib ketadi deb, keyingi nimani qo'shdi. Lekin nim bo'lishidan qat'iy nazar bu jakarnoma, bu qonun emas. Ya'ni buning siz foydalangan yerini olasiz. Amerika'daki yerlik millet faydalanganını alıdı, yani bir yerdeki özgü faydalık yerini alıdı, hemmini tan ilip hemmini tan red kıldığını esemez. Bunun özünüzge kilidığında faydalanırsınız, kemmeydiğini red kılırsınız. Bunun nesi şu? Yani herhalde bir yerde yani bu yerde sizgi ziyallık yerden Xitay faydalanmam da bir sual. Yani birisi Mekaran dalyar. Ben sizden bu meseleni kötürüp çıkanınızı ben bildim. Xitay faydalandı, o Xitayning inkasini men bayaqin deb buldum. Xitay buni qabul qildi, qabul qilgani biz yerlik millat yo'q deb qabul qildi. Men buni shaxsiy siz bilan paranglashishim mumkin. Dunyo Uyg'ur qurultiyining bu indigenous people haqida hozirgacha yozma shakllik ya bergan hech qanday bayonoti yo'q. 2007 9 ayning 13 kuni bu jakarnoma e'lon qilgandan hozir 2022 yil 1 ayning 9 kuni. Aradan 14 yıl vaqt o'tdi. Mush 14 yıldan buyon
Dünya Uygur Kurultayı'nın bu yerlik millet yoki Uygurlarni hech qanday nimasi yo'q. Çünkü bu mındaqlı işkimiz talaş tartış qiliblar, mında bo'lgan ish emas. Bunun bir mutaxassis lazım. Dünya Uygur Kurultayı eğer bununla baha verse, ben başta dedim, bunun bizge keldiği yerleri var, evzelligi var, bizge kelmeydiği yerleri var. Siyasi noktadan bizge keldiği yerleri var, siyasi noktadan evzelsiz noktaları var. Kanun noktadan bizge keldiği evzellik noktaları var. Kanuni cihetten bizning elakaya davarımız ziyanlı keldiği noktaları var. Hemini bir toplap, anadikken hüküm kılısınız. O sizge okşaş, Ya hazır bunda kılamayısınız. bir minut ben bu bir iki söz koşayım şununla. Hazır bu yerde Dünya Uygur Kurultayı'nınki biz indigenous people degan bir nimasi yo'q. Ya. Bir bayonoti yo'q. Ya bir qo'l qo'ygan bir nimasi yo'q. Nimaga asosan bunchalik bu masala ustida biz munozara qilyapmiz? Ikkinchisi nimishga sizlar mushuni bir bahona qilib ko'tarib chiqib Dünya Uygur Kurultayı'ga hujum qilasizlar. Mushuninki bir tushanchisini albatta bu yerda bo'lmasin, balki keyin yana bir fursat bo'lar. Hozir nayti kashma bo'lib ketdi. Bu talash tortishimiz ama meningki nuqta qo'ymoq bo'lgan yerim biz Dünya Uygur Kurultayı bo'lish sifatimiz bilan hech qachon biz indigenous people deb bo'lgan yerimiz yo'q. Ya biz onunla şu biz indigenous deb bir nimaga kelishimga qo'l qo'yganimiz yo'q. Buning uchun men bu talash tortishni behuda deb qarayman. İkincisi onundakize buningdan istifade qilib, buni suiiste'mol qilib, Dünya Uygur Kurultayı'ga hujum qilish bir vosita qilib ishlatmasliginglarni sizlardan so'rayman. Onundakin yana birisi hamda bu siz nayti yaxshi o'zingiz yetishtirib etibsiz. Biz nayti xo'sh bo'ldik shundaq insonlarniki chiqqanligiga. Lekin bilmaydigan nimalarni bir-biriga ulab, bir-biriga munosabatlantirib, bu bir hikoya to'qib chiqishingizni men to'g'ri deb qaramayman. Buningda bu daqiqatim o'sha suhbatimizning bir qismini angladim. Dünya Uygur Kurultayı'ni qaralash uchun, Dünya Uygur Kurultayı'ga hujum qilish uchun Dünya Uygur Kurultayı Sharq Turkiston Milliy Kurultayı'ni yo'qotdi, Sharq Turkiston Milliy markaziga o'zgardi, uni yo'qotdi. Shunda deb kelib Dünya Uygur Kurultayı'dagilarni Sharq Turkiston davosiga ihanat qilayotgan insonlar sifatida ta'riflab chiqibsiz. Ya'ni shuning maqsadi shu bo'libdi. Buning uchun bu yerda sizningki biraz yana o'tmishni bilishingizni, davoninki biraz tarixiga biraz nazar selishingizni, u to'g'ri nazar bilan buni o'tirib qo'yishingizni sizdan so'rayman. Rahmat sizga. Okay, Rahmat. Men bu oxirgi so'zimni qilib tushay. Ya ama ben yığın çaklarsam çünkü bir yerde başlamı Ben tezde tükütümen. Yani hazır Ömer Kanat Efendim'in diyen gibi biz hiç kaçan Dünya Uygur Kurultayı unda indigenous people dep bakmadık dedi ama 12 yıldan yağı Üzüldüm oldu. Ya mening avaz yok. üçün veya ki hikayelerni to'qib dedi. Menimcha hali kimning hikoya to'qiyotganini ko'ryapti. Bu yerga mening gapirishimdan hojat yo'q. Faqat bizda hozir da'voning tarixini yaxshi bilib dedi Ömer Kanat Efendim. Men da'voning tarixi to'g'riliq hamma narsani isbotlab qo'yyapman. Abiyam Abdurim G'ayni qilinishimizning degan narsani men deb qo'yay. İsa Yusuf Alıptik Efendi'nin kitabını okudunlar mı şunlar? Kitaptan başlayıp bir okunlar davanın tarihini yaşadığınızda. Diler abay diyenler bu gap uzarıp gitti hazır. Hadisesi yok değilse. Bu yerde neymiş yani o kitabı neymiş için tercüme kılmayıslar Uygurcağa. İsa Yusuf Alıptik'in esir Doğu Türkistan için diyen kitabı neymiş ki hazırca tercüme kılınmaydı. Sen tercüme kılsan olmaz mı? Özenler yürügünler. Ya sen tercüme kılsan Yürügümüz ne? Okuzlatıdığın işim yok. Sen tercüme kılsan olmaz mı ya? Bol. Bu ne? Tamam Diler. Son söz be oldu. Taxtısının kendi otağın bir teşkilat bizgi vekillik kılmaydı. Bunu bilin. Rahmet. Okay. Unda bir taxta yok. Onu icat qilib chiqibsizlar. Unda bir taxta yok. Allah'a şükür biz halkımızın aldıda peşanimiz o çok.
Şarkı Türkistan'ın müstakilligini nişan kılgan bir teşkilat. Şu yolda meňibatymyz. Sizlermi hiç bolmasa bir ameli iş kılıp meňingla Şarkı Türkistan'nınki müstakilligini kol keltiriş üçün. Quruq kompüterde olturup elip bizni gajap bizning aqymyzdan nima xatolik işleydigine bizni keçkiçe bizning aqymyzda küsüp yürgüçe üzangla bir iş kılыңlar. Halkımız sizlerden razı olsun. Allah'ım sizlerden razı olsun. Rahmet. Rahmet Ömer Kanat efendim. Bu yerda endi ülkenin degendek muşu bazılarda endi isim atlamay muşu sizmi burun RFA'da işleyen Erkin Asya Radyosu'da. Bazılar Xitay tarafından başkuruldu bu RFA. Şuna Şarkı Türkistan diyelmeydi. Bu radyo yuşurun halkımızga karşı en zahirlik radyo dep oturga çıkıvatkanlar ba meselen. Bununla kana qaraysiz? Ben bu radyoda elbette 10 yıl Erkin Asya Radyosu'da işledim. Bu radyonun ki ehmiyetini bizden bu davatkan insanlar bilmegen bile bizden halkımız biliglik, dünya biliglik. Şu Erkin Asya Radyosu Uygur bölümünün ki dünyaya şu Şarkı Türkistan'daki kırgınçılıkını tonutuşta, bütün dünyanın ki dikkatini kozgaçta bu Erkin Asya Radyosu uçur teminleşte şulağa halkılık bir rol oynadı. Bunu inkar kılmaslamamız gerek. Bu nimişke bu radyo Amerika devleti tarafından başkurulatkan bir radyo. Amerika devleti Xitay boğan, Xitayga işlegen, Xitay başkurulan bir radyoga ruhsat kılmaydı. Fakat bu yerde nimişke Şarkı Türkistan demeydi degan mesele var. Biz emdi şunu mu dep ötey, yani biz Şarkı Türkistan deyiş üçün, Şarkı Türkistan degiziş üçün naiti jiq tirişçanlık göstergen insanların biri men radyoda. Başkalarımı ba elbette, şunda Şarkı Türkistan deyiş gerek dep. Lekin radyonunki prensibi boyunca bula hatta bizge radyoda başta sizler Uygur rayonu emas, Şinjan Uygur Abdunum rayonunda islan dedi. Şinjan'da islan dedi radyoda. Çünkü radyo Amerika'nın pulu bilen meňiwatkan radyo, Amerika bu devlete bunun pul veriwatkan radyo. Sizler Şarkı Türkistan ya Uygur manda diýseňler, biz bu radyo bir bölgünçi bir radyoga, Xitayny bölmekçi bolgan bir radyoga pul bergen bolup hesaplanymyz. Xitay bilen aramızda diplomatik sürtüşme çıkadı, cidel çıkadı. Şununla bunu demeyslen dep Şinjan Uygur Abnum rayonu, Şinjan yaki deyslen dedi. Şu yerde şu cık tirişçallık, cık köreş arkalık hiç olmasa emsi biz Şinjan demeyimiz, Uygur rayonu deymeyiz, Uygur ili deymeyiz dep bunu kabul kıldırdık. Bunu kabul kıldırıp şununla radyoda Uygur ili deydi. Bu radyo Amerika tarafından başkurulatkan bir radyo, hükümeti tarafından, Xitay tarafından demez. Bu radyo Uygur halkıga nait paydılık boluvatkan bir radyo. Uygur halkının derdi davasını, ahvalını, üyede boluvatkan kırgınçılıkını, üyede boluvatkan vahşetini dünyaga en yakşı anlatıvatkan bir radyo. Muşu radyonunki haberleri dünyanı oygattı. Muşu radyonun haberleri dünyanın uyg'unishida, dünyanın uyad boluvatkan işlarni bilishida nayti çoğun rol oynadı. Çünkü bu bir axborot organi bo'lganligi uchun, bizlar tashkilot bo'lganligimiz uchun biz nima deb qaradi boshda deysanglar, bular bir Uyg'ur tashkiloti, bularniki bergan uchiriga biz mundaq nima nayti uni e'tiborga olib kelsak bo'lmaydi. Çünkü bular bias deydi, taraf tutilgan bir teşkilat, Uygurlar üçün hizmet kılıvatkan bir teşkilat boğaşka, bununla ançılar ehmiyet vermeyli diyen nimi var dünyada. Çünkü Uygur teşkilatı boğaşka. Lekin bu bir axbarat organı boğaşka, bulanın çıkargan haberleri, bulanın bergen fikirleri, nayti köp dikkat elinde. Şununla bu radyo, nayti bu kırgınçılıkının ki dünyaya antılışı da, tuyılışı da nayti çoğun rol oynadı. Üyedeki insanlar keçini kündüzge bağlap, işlep, nayti cık tırışçallık neticesinde aşındak breaking news, şundak dünyada en dünya matbuatı dikkatli alan haberlerini
tarqatdi, xabarlarni oldi, vatanda nima bo'layotganlar, vatanda hech kim gap qilishmayotgan chog'da bizning mushu radioningki muxbirlari vatan bilan aloqa qurib, bu u yerda bo'layotgan ishlarni dunyoga to'yg'azdi. Buning uchun bu radioga minnatdor bo'lishimiz kerak. Bu radioda ishlayotganlarga minnatdor bo'lishimiz kerak. U yerda vatanparast insonlar bor. Shu vatanparast insonlar shu o'zlarining imkoniyatidan foydalanib u yerda qo'ldan kelganicha vatan millatga foydali ishlarni qilyotdi. Ammo Sharq Turkiston u yerdagilar radioning boshlig'i emas, bu radioning prinsipi bo'yicha qo'yilgan bir nima. U yerdagilar hammamiz shu yerda Sharq Turkiston desakkan deb turgan insonlar. Sharq Turkistonda ba'zilar hatto ishlatsakmi, keyin bizningki xabarlarimizda ko'rib qilib shu nimani Sharq Turkiston deb ishlatganligimizni. Chunki bu radioda xabarlar ishlangandan keyin her yili bu radyo baholanadi. Bu baholash nimasida sizning yozgan xabarlaringizni, nimalarni bular shu mutaxassislarga avatadi. Ular undan keyin buni inglizchaga tarjima qildi, uyg'urcha xabarlarni. Tarjima qilgandiki, bu yerda Sharq Turkiston deb ishlatilib qolsa, uning oshini tutib keldi. Hatto Xitoy deb ishlatmaysizlar deb nurg'un jidal bo'ldi. Hatta bizni baholagan chog'da bular Xitoy deydi ekan. Xitoy degan bu Hanzu degan deyish kerak. Xitoy desa bu Xitoylarga bir haqorat hisoblanadi Xitoylar. Bular bilib turib mushundaq da'vatudi deb hatto bizni ayiblaganlar bo'ldi. Bular bilib turib Xitoyga haqorat qilish uchun Xitoy deb atayotdi Hanzularni deb. Degandiki, biz uningdikinza bu yerda boshqa cho'nglarimizmi bor? Shu nimani isbotlab bu Ruslarning bularni Xitoy deyotganligini, O'rta Osiyodagi butun millatlarning bularni Xitoy deydiganligini, bular desa hech qanday gap bo'lmasdan Uyg'urlar ularni Xitoy desa bu ularning ishiga tegamdikan deb, mushunda deb ularni isbotlab chiqqandan keyin radio uningdiki nima bo'pti? Xitoy danglar deb, Xitoy hozirmi radio Xitoy deydi, Xitoy deb davomlashtirdi. Bu yerda nurg'un mujodala, nurg'un kurash bo'ldi. Shuningga buning ichini bilmayapsizlar deganimiz shu. Rahmat sizga. Yana bir qaynishimiz telefon qilib qopti. Lütfen siz kim bo'lsangiz va savolingizni so'rasangiz bo'ladi. Rahmat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ovozim chiqadimi? Chiqyapti, rahmat. Xo'sh. Oldi bilan rahmat bunday bir programmani o'rinlashtirilganiga. Arzimaydi. Bo'libmi Arslan kardeşimiz Amerika ve hayatını başlayan yardımcılar çıkıştığı hem ki dünya kültürünün rehberinin ki halk uç kaldı meyli kanda sualı sorsun diye bana çıkanı çünkü ötken de köydük sual sonra sormayla 5 dolar vermezse diyen de bir tane aldıkça bu taza bizden bölden bir teşkilat diyen olan için bütün bölden bir teşkilat bütün suallara cevap veriş gerek. Hiç olmasa hem de bunun bir kabi ekip bo'lgandan keyin 5 yolumuz bir adamni chiqarib savollarga javob bergisi menimcha ilgirlash bo'ladi. Xalq tushunadi, nima qilayotganligini. Shuni yaxshi bir boshini cho'pdi deb qarayman. Boshini ishlab qarayman. Asosizini boshini chiqib tamam. Indigenous degan bo'lsak, mana bo'lg'ashqa deydi. Demagan bo'lsak, mana bo'lg'ashqa demedik dedi. Indigenous gibiga bir kirgim yo'q, o'yam chunki Gilyam Musabayatdan o'qibdi. Ama şu akşamdan inek sorğanda nəhayət səmimiyyətlə özünün istədiyi dedi Dolqun Efendi, Dolqun İsa Efendi, mən bu işin aşağıya aşağıda bir reportta Uygurlar Xitoydagi indigenusda ko'rgan xato dedim. Şu iş efendimin so'rab kim var mı? Birinci sualım. Türkistonda da azroq bir diyalog qilsak, Ömer Kanat Efendim qanday qaraydi? Şu reportta aslında da kırgızında tamam dünya oldu. Arlaşmadık bununla dedi. Uygur Human Rights Project degan teşkilat qildi buni. Üzülüp ketdi. Lekin herhalde bu vaqtda nima xapamanlar üzülüp ketdi. Nima to'xta qayta olay. Qaynishim nima qayta ko'rsangiz bu vaqtda savolingiz javob berilib bo'ldi deb bilaman. Men asla tushundim shaxsan.
Şu qayta ko'rib javobingizni ilib olsangiz bo'ldi. Qayta bu yerda bir xato tushuncha bo'lib qolsa qayta urib. Qarindishim telefon uzilib ketganda qayta bu vaqtda men buni tushunishimda javob berib bo'ldi deb qaradim. Bu to'lqin nima bo'lsa so'rasa javob beraylik nima deb. Shuning hozir bir Yo'q, ben bu savolingiz bo'lsa. ishga rahbarning qarashini bildim. Xalq hozir qanday qaraydi bular? Bu vaqtda javob berib bo'ldi deb. Men bayam deb o'tdim. Ben öyle qarada ben qalayman dedim, yo'q, xato bu dedim. Ya, to'g'ri. Men bayam deb o'tdim-ku. Men biz Uyg'urlar indigenous people emas, ama Uyg'urlar Sharq Turkistonning yerli xalqi. Bu nimaga men ona desek yani Sharq Turkistonga indigenous yani biz. Boshqa nimasi yo'q, andaq nima millat xalqlarga tabi emas. Ulardan o'zimizni ayırıyız. Biz Sharq Turkistonninki yerli xalqi deb o'ylaymiz. Bu mushu nimada men ching turma, meningki fikrim mushu. Undan keyin boshqa Mehmet To'xta efendimning boshqa yan deydigan gap bormi? Uni bilmayman, lekin bayam nayt ochiq deb o'tdim men. To'lqin nayt ochiq dedi. U nima bo'lgan bo'lsa, dokulat bo'lgan bo'lsa, shu chaqdagi Uyg'ur kishilik huquq qurilish tarafidan e'lon qilingan bir dokulat. U chaqdimi uning sababi batdi. Bakan u sabab nima desanglar, Xitoylar Uyg'urlarni Sharq Turkistonning yerli xalqi emas bular. Degashga u dokulatni yana o'qib beqinglar. O'qib olsam, men bu o'qidim uni qayta. O'qisam, u yerda noaytijiq tirishchanlik ko'rsatilgan gap. Uyg'urlarningki Sharq Turkistonning yerli xalqi bo'lganligini isbotlash uchun. Nurg'un bo'libmi bu chet elliklarga antish uchunki dokulat inglizcha chiqqachqa, antish uchun jiq g'ayrat ko'rsatilgan gap. Ammo biz shu yig'indimi ochiq degandek, men shu chaqda dedim, To'lqin agishib, To'lqin dediki, men nima emas. Bana uzatıştan ait yok Arslan. Okay. Düşündüm buna yerli millette Uygurca'da ayırıp indigenous people'dan ayrımlığını bilemez hem de onu uzatıştan gerekiyor. Ben bunda o yüzden çok ne azrak ben üzerine göz karşı diyeceğim Uygur buluşmuşsunuz öyle. Biz indigenous diyen bir report hazırladık. Indigenous people diyen bir devranın hapsi tutup indigenous people's organization diyen hapsi tutuyor. Üyet bütün Erdoğan'ın Katar'dakiler kırıp özünün şu halkı vekaleten biz indigenous people organization'ın işçiler Türk yakaladığı bir yerde bu faaliyet kılıverden ki ben o yüzden bu gapni anlagan diken halk bunu kötüre tutkan diken dünya okulucu bir halktan saylangan bir organ bolgan diken bir yerde bu gap değilgen diken baş reis bu iş hata oldu diyen bolsa başkalarının işçide iş olmuş bir 50% da bu hata oldu dep oylaydı da para geçiyor mu yani? Doğru. Indigenous people emek, Aboriginal indigenous people emek organization hata o ya turur. Bu da hani bu turgan diye bu paran buldu mu desek Mehmet To'xta efendinin gibiden hiç kadar paran olmadı deydi. Bu işler bu davran çıkkandan kim mi? Bu dünya okulda içinde paran oldu mu bulmadı mı? Bir talaş buldu mu işçideki çünkü hakikaten bizim o dünya okulunda içindeki adamların vatan suyunu alıp işlemeyiz. Bunun çatağı yok. Biz kağa işini takip kıvatmayız. Kağa işini takip kıvatsak Mehmet To'xta efendimden abayetten ilgisini tasıp neyin bulmadı? Ben senin niyetimden neyin bilip ya niye demez? Kağa işini karanmaz ya. Biz neyine davat demeyiz. Neyi takip kıvat demeyiz. Bunun karşı gerek. Ve üzerine tanıştığımızı ödep koyar. Ben Absalam Gani, Gollandiya'dan, Şarkı Türkistan Yasa Kurultayı'nın içki işleri mesulardan bayağı ister maktayına da bir kırıp gidip üzerine tanıştırmayı kaptım ben. Yani biz kıvatka işimizin mu? Neye git bağlılığın bilip kıvatka adamlar. Silahın kıvatka işimizin neye git bağlılığın bilimiz ne? İddia kıvatka adamlar. O da var ki bunu sonra kısa. Biz sen ilişki sonra diyeceğiz. Düşünler soğan. Bu işler atmaydı ben gelip geçiyorum. Tamam. Ya. Ne bu çocuk kalın kuşun koşar arslan kilidi o. Yemi yoltanlıgan başka balık çıktı o. Önlemelerde açıdı o. Ya bu çocuk kalın. Sonra ona korkmayın. Cevap da kılıldı. Kıskasam içinde şu ezalarının içinde muşu kalakta. Buldu mu? Bulmadı. Boşuna ya buldu ya bulmadı. Cevap versin bunu kurup yapma kılsana istiyor. Biz ama adamlar uzak sosyal yok. Onun rahmet Allah razı olsun. Ya. Men belki Mehmet To'xta efendim qatnashmagan nimalar bo'lishi mumkin. Bizning aramizda bo'ldi albatta. Ammo biz uningga mas'ul emasdik. Hech kim bu biz indigenous people deb bu yerda bayon qilmagandiki,
onunki bir ciddi bir nima bo'lishigimi hojat qolmadi bu yerda. Chunki biz dedik biz hech qachon biz indigenous people deb o'tirg'i chiqmadik. Ya u yerga birisi bilan bir nimaga qo'l qo'yganimiz yo'q. Shuni hammaylar buni biliglik va nima deb biz indigenous people bo'lamiz ekan deb. Shuningga biz u yerda boshqalar shuni bildi. Onun uchun biz ochiq ayadimi deyaladik. Biz onunga nima emas u indigenous people'ninki nimasiga qo'shilmaymiz deb. Shu bizningki meningki xabarim bor nima? Mushu shuningga bu jihatda hammanglarga kafolatlik beralayman. Mushundaq deyildi. Mushundaq qaraydi dunyo Uyg'ur qurultiyininki nimasi deb. Men bir qiz qo'shimcha qilay. Abdusalom g'ani qarindosh. Tamam. Meni deganim temi sifatida bir tashkilot degan bir muzokara temasini bekitdi-ku. Gapimning bir qismini ammay siz bo'ldimi bo'lmadimi demaysiz, bir tema sifatida, bir muzokara temasi sifatida. Meni degan gapimning 5i avofka. Shuna dunyo Uyg'ur qurultiyi yerlik millat masalasini tema sifatida mening hozirgacha bilgan qatnashgan yig'inlarimda unda tema o'tirg'i tushmadi. Unda tema muzokara bo'lmadi. Shundan ijro komiteti raisi shu da'vat qildim biz qarang masalasi u ayrim masala ekan. Tashkilot bunda muzokara qildisi tema sifatida muzokara kun tartib kelib unda ma degan gapim ma'ni qartilgan. Siz sho'lashqa ma ikkimizning gapidan yana buni manipulation deymiz. Bunda qilsangiz bo'lmaydi. Yana bir masala ekan. Indigenous people'ni dunyo Uyg'ur qurultiyi muzokara qilmadi, lekin men haq huquqlar haqida savol tushgandan keyin men uni o'qidim. O mening bu temaga bu qurultayning hozir men qonuniy komiteti mudiri bo'lish bilan hozir bizning qilayotgan ishimiz 50-60 ming dollar pul xarjlab buningda ustida ishlab ekan. Shunlashqa bizning degan gapimiz ma'vo. Sharqiy Turkiston xalqi u zaminning egisi. O indigenous people'ni siz qaysi nuqtadan qarashingizga bog'liq. Şunun o'xshash mening shaxsiy fikrim bor, Umarning bor, Dolqunning bor. Ammo tashkilot nomidan mundaq bir xulosa kelish uchun o qonuniy mutaxassislarning fikriga, muzokarasiga ba'zi davlatlar 3-4 yil muzokara qilishimiz bir ish kuch qator bir yig'inda muzokara qilib nima qilishga ehtiyojimiz bor. Uni bir ishkadan Wikipedia'da ma'ni mundaq kirib deydigan gap emas. Minusi va plusi bor. Musbati va manfisi bor. Meni deganim bu ekan. Okay, bu javob oldingizmi? Ondan sonra bu indigenous doğrusunda anlaşmayı demek aslında evvel vakti oturuyormadıydı. Reis Mütkaç'ta dedi. Bu da ama bu karşı dedi. Tamam bu ebceş hem de ayağı çıkmaz ebceş söylemek için bunu. Ama benim o nimi doğru. İpim çıkardır mı? Çıkardır inşallah. Mao nimi çıkıp kaldı bayağı Mao başka sorun vardı ama gelip uğraşmam kayıtılmaydı ama nimi çıkıp yakşı oldu. Erkin Asya'nın ki Erkin Asya'nın işleşke Erkin Asya'daki adamların bu hakikaten ne güzel adamlar var. Ama Erkin Asya radyosu nimi kurulgan dedi. Ama şu akımızdan Ömer Kanat akımızın diyen gibi Xitay deyimi, Şincan deyimiz degende onu biz karıştırıp Uygur ileri aram bozup ekeldik dedi. Biz mi şunu davat demeyiz. Uygur ileri mi öteyli, tekimi tarafı kısım bu, Şarkı Türkistan deyli de Bunda nimeli ekleyici de sizlerin ay burunki doğru tanımları kılıvatkan işten ahını kılıvatımız biz. Şu aslında. Biz kısa hata okulayıp seni takip etsek mi doğru aynı vakitte. Biz hazır takip etsek hata okulayıp seni aşırı parası bizim kılıp. Bunda bağımlı bu neydi bununla? Doktor biz yaşamakımızda yani ki 20 yıl 30 yıl burun biz nimeli genci kilidi. Ben bir misal depre çünkü çoğumuş yakın yıl olan bir iş özlemden beşikte ötkenli depre. Kenişim ama sualni yığın çaklap nim kıpırsarsınız inşallah. Bulamdı. Misalını göstereyim. Bosniya'da yığın oldu mağarip cemiyetinin yığını. Şu Bosniya'daki yığın buluştun bir iş gün buruan bu şu mağarip teşkilatındaki başlıklara telefon kılıp kim o? Türkiye'deki Erkin Asya'nın muhbiri haber işleydi. Bu haberde haberin tekst okuyumunda Erkin Asya'da ne deydi dese babama teşkilatlarında çok şey uğraştırmak istiyor. Bu teşkilatın sonra olan biz rehberine ziyaret kıldık. Rehberinden gibi yaptım. Yazıkta özü aşu haber işleydi Türkiye'deki muhbir ne deydi dese bu Hidayetullah efendim değişse Uygur davasına anda kılıkta Uygur davası oğurluk Uygur meselesi dedi.
Uyghur meselesini bunda Fintatski iki bazı nesnelerinde Uyghur meselesi kanday kılınız degan işler doğrusunda müzakere kararlar çıkadı ketipti. Şu anda o'ylamda bu adam Uyghur meselesi deyilgan adam emas deyip, bu adamning gapini hijab mında putta bu deb ovozni anglab qo'y ovoz bo'lib qolsa deb ovozni anglasa u odam butunlay shartni chiqarib ketdi. Ayada bir tercüme var. Bir yerde bu organı bilimiz Amerika'nın organı ya. Amerika'da değdi o Amerika'nın organının iyisi. Ama eğer bir adamdan özünün geptigen, özünün balısı boşaş neyse, sen balandır, sizin boygan boysan ayak verip bana kıvatlayımız bu. Koştu, çıktın işçi ilip deyiş gerek. Ben bunu getmenin özü yetküzdüm şunu ona. Aşı getmenin ilgisi yetküzdüm. Sizin getonla manda tercüme koyup vardı, haberim var mı? Degen onu de anandaki bundan keyin chiqqan xabarga qasdan qarab boq deb nimbamiya dedi. Sen undan akıvatlaştık aptı. Qo'shdi chekitdan ishtigini qipti. Buni tirishmasak bo'lmaydigan masala bu. Va Amerika bo'lgandan keyin Amerika nima emas. Siz qilgan ishni qilyapmiz o'xshash ishni. Tamam. Ya bir Mishat bir nima o'shay. Rahmat. Ya rahmat nayti yaxshi. Ana men bir savolni tushundim. Siz aşağıda siz kimler sizge sen Şinjan deyse degen ki. Kimler sizge Şinjan deyse degen ki Uygur mu diye ya Ya Amerikalık. Şu radyonun bilgisi şu Şinjan deyislenip hatta şu davatman bizninki biz ma teşkilatlardan kelgeçke o radyomu bek ihtiyaççantı uçakta bu teşkilatlardan geldi. Bula bu radyonu bu teşkilatla nimesiga işletip ketmesin deb haberlerimiz, nimelerimiz İngilizcege tercüme bulup ondakin o radyonunki müdirleri onu körüp çıkarttı. Neticede şundak deyilgen vaqtlar var Şarkı Türkistan. Siz degen nimeni biz aşındak işlettik hem bu muhbir kanda işletip kaldı bilmeyimiz. Biz degen çağda bula Şarkı Türkistan davası biz bunu özgersek bulmaydı. O degen adamlarınki avazı ve özününki degen gip petişe şu pede tırnak içinde şunu ilip bunda kılımız dedik. Onunla şu çağladımı ruhsat kılgan. Şunda nime kıldık. Ama bu toxtımı diye bu tırışçallık. Biz Şarkı Türkistan'dayız dep ben çıkan kadar radyodan muşinime davamlaştı. Hazır mı davamlaşıvatı dep oylayma. Çünkü radyodaki hemme adamınki kalbide yazgan çağdımı kolumuz titreydi bizninki. Eğer acabının bop kettiği Uygur ili davatımız Şarkı Türkistan demiş ki demeyimiz dep. Hemmeninki arzusu, ümidi şu. Bir yerde biz muşundak Şarkı Türkistan'da işletsek de. Lakin sırtın dinimde haberler tercüme bulup, sırtı bahalanıp gelip, onundakin o bahalaşnımısı da nurgun ilgı kıyınçılıklar çıktı şu çağda. Sizler manda depsiler, anınғы yan besip ketipsiler, mağınımı kıpsiler, Xitay depsiler, bu yerde Şarkı Türkistan degen yer varken degen nimini sırtın ilgı bahalıgıçılar şu radyo deydigan okşaydı muşu nimelerge dikkat kılыңlar dep şununla kattık dikkat kılgan gap burunki menba çağdaki bahalaşlarga. Şunu ama bu nime toxtumu değil davamlaşıvatıdı. Cık yerlerde biz mesela muşu net degen nime var bizninki inidi bizge bazı teşkilatlarımızga pul verivatkan. Şu yerde bizde Şinjan Uygur Abdunum rayonu dep alısılan her kandak nimede dedi. Şu yerde mi biz Uygur nimesini aldık. Uygur da bir şey demeyiz. Manda işletsek biz hiç iş kılanmayımız da. En ahire muşu bu yer Nuri Türkel efendimden münayete çoğun hassısı var. Ahire biz aşı nimege inidiğe Şarkı Türkistan degen nimeni kubul kıldık. Bir neçe adam battı bizge karşı çıkıdığan lekin keyin asta aşıla hemmesi Şarkı Türkistan'da bütün bizninki communication yani alaka ünlümlerimizde Şarkı Türkistan'da yazıldı. Dokulatlarımızda, işe dokulatlarımızda Şarkı Türkistan'da ulanın bu resmi nimesiga kirdi. Bunu bütün gücümüz bile, bütün nimimiz bile muşunanga tırışıvatımız kardeşim. Onun sırtında mesela Uygur kanunu çıktı. Mesela deyli Uygur kişilik hukuk kanunu. Uygur kişilik hukuk kanunu ne dep çıktı başta bilemizler? Şinjan kişilik hukuk kanunu dep çıktı. Biz kançılık, tırışçılık gözettik. Şarkı Türkistan desek yakın kemmedi. Bu Şarkı Türkistan demeyimiz dedi. Emse hiç olmasa Uygur danlada, Uygur cemaatininki bütün narazılığı var, undak var, mundak var dep şürüp, ahire Şinjan Human Rights Policy Act degenini
biz Uyghur Human Rights Policy Act o'zgartdik. Endan keyin eng qisqasi yana bir misol deb beray. Bu da ketim chiqqan Uyghur Human Rights Protection Act bor. Forced labor. Ha, to'g'ri. Human rights. Muhojirlar uchun chiqarilgan qonun bor. Buning nimasi nima deydi bilamsizlar? Asli nima shu kongressman imzolab mushuni tonishtirdigan vaqtida nima qilgan nimasi? Xinjiang Residence Protection Act. Xinjiang aholisininki kishilik huquqini qo'g'dash qonuni. Oy bu qanday bo'lib ketdi deb shunda jiq jidal mojaro jiq ilqi uchrashishlar jiq nimalar orqali tirishchanlik ko'rsatish orqali buni oxiri biz dedik bu bunda desanglar oxiri biz shunda ochiq dedik bunda desanglar butun Uyg'ur tashkilotlarga deymiz hech qachon bu qonunni mushu nom bilan chiqsa biz qo'llamaymiz deb desak dedi u yerda yolg'iz Uyg'ur degan gap yo'q u yerda boshqa millatlar bor qozoq bor qirg'iz bor buni hatto Uyg'ur deb chiqarishga biz qarshi edik bu yerda bir etnik guruhni biz alayda nima ko'rsatmaymiz hammasi o'xshash oxiri shularni qoyil qilib bu Xinjiang Residence Protection Act degan qonunni Uyg'ur Human Rights Protection Act deb sundi shu qonun hozir mengyotdi ya'ni demakki biz Sharq Turkiston demayli Sharq Turkiston demaymiz degan gap yo'q boyammi deb o'tgandek har qanday yuqori darajalik suhbatdimi biz so'zlagan chog'da u yerda Uyg'ur rayoni Xinjiang degan bo'lsa biz u yerda uni qat'iy nima qilmaymiz u yerda deymizki biz Sharq Turkiston deymiz Sharq Turkiston xalqininki orzusi nima desa orzusi mustaqillik deymiz mushu sharoitda qandoq Uyg'ur xalqiga boshqa nima tong'ini bo'ladi Sharq Turkiston xalqi butun mustaqil bo'lmasa yo'qoladi zaten Xitoymi yo'q qildiganligini ochiq dunyoga ifodalayotsa qandoq qilib yana biz u Xitoyning bir partisi yo avtonom rayon bo'lib yashaymiz biz mustaqil bo'lishimiz kerak deb har qanday cho'ng nimada mushundaq deb o'tdik shuni men eskartib qo'yay rahmat sizga qaynishim ismingizni dang va savolingizni so'rasangiz bo'ldi rahmat assalomu alaykum men ismim Qurbon Nazar men o'zim Amerikadan lekin hozir turayotgan yerim Avstraliyada menki bu yerda bir necha bir izoh berish sababidan chiqdim bu izoh berishim Amerikada qaratildi 2014 yilda Sharq Turkiston Sirgunji hukumatining qurulgan vaqtida Amerikada degandek Amerikada u vaqtda radio free ishlatgan vaqti u vaqtda Anvar restorani ya'ni mening tog'am Radio Free Asia'ningki mushu Capitol Hill'dagi kongressi bo'lgan mushu yig'in qilib muxbirlik suhbatlar qilish to'g'riliq degan chog'da Radio Free Asia'ningki Sharq Turkiston deb bunlar nimaga kiramaydi deb bu yerda Radio Free Asia'ning kirmagan lekin bu Radio Free Asia bu deyilgan gap bo'lgan andan keyin Salih Xudoyaningki 2017-yilda East Turkeston Youth Awakening Movement deb bu yerda 2017-yilda qurilib yilning oxirida Capitol Hill'ning oldida to'xtatmasdan kuntirgidek namoyish chiqqan. Bu chiqqan vaqtida shu kongress ishlaydigan Capitol Hill'dagi yuqori darajalik bir insonningki bizga bu yerda Sharq Turkiston deb yozgan Saliviyada. Uni ilvat degan gapni qilmagan. Faqat independence degan gapni ishlasang bo'lmaydi degan. Bundan demoqchi o'g'lim bu g'arb ellarda bo'lib Amerikada Sharq Turkiston degan gapni ishlasa bu qonun kirmaydi yo bo'lmasa ishlar so'zlash bo'lmaydi degan gap bo'lmaydi. Andan keyin bu Sharq Turkiston qaynishim bir savolingiz bormi? Demoqchi o'g'lim bu yerda Sharq Turkiston deb ishlasa har qanday yerda bo'ladi. Faqat bu yerda independence degan adam bormi sizga? Shunda ketib bordi. Lekin bo'lmaydi degan adam bormi? Umarxonada panamni degandek ba'zi gaplarda bu yerda to'liqlangan yerda bo'lganligi uchun men shuni demoqchi bo'lgan. Rahmat. Sizga bu qonunninki bizni qonunni shu vaqtda Salih shu Awakening Movement qilgan vaqtida kongressninki Capitol Hill'dagi ayol chiqib shu qonunni buzganligi bu qonunni qaytadan chiqarmoqchi bo'lganligini degan. Rabiya Qadir ham shu yerda. Masalan, Rabiya Qadir kimlarning tarafidan to'silganligini shu yerda aytgan. Shu.
Endi mening asos demoqchim bu yerda Anidiyninki qildig'ini demokratiya butun davlatga. Shunlashqa bu yerda bizningki independence deganda gapni bu yerda chiqarishimizdan hech qanday hojat yo'q. Bu demokratiyada bir davlatni parchalash degan gap bo'ldi. Shuni men bir izoh berib qo'ymoqchi. Rahmat. Rahmat. Endi yomon o'yey. Men ben nimaga mangmoqchi endi bir yerda to'xtatsak yaxshi bo'ladi. Soat yana bir 5-10 minut nim qilsak bo'ldi. 5 minut men Mehmet to'xtab qolsin lazım. Men chunki yo'lga chiqmoqchi New Yorkka. Mangmoqchi. Chunki ish qilyapsizlar. Tamam, rahmat. Kechiringlar, ba'zi qarindoshlarni mana navbatda saqlab turinglar dedim. Xafa inshaalloh balki keyin yana bir fursatlar bo'lib qolar. Sizlarga ko'pdan-ko'p rahmat. Mushlar o'tirib chiqib balki fursatimiz bo'lib qolar yana. Oxirgi so'zinglarni bo'lsa ilib, andan keyin men asta kapatay. Nima iptay bu ekranda. Rahmat, ko'p rahmat Arslan, sizga bugun bizning shundaq xalqimizda yuz ko'rishtirganligingiz uchun. Biz bundan keyin degandek xalqimizning oldiga chiqib, mushu har qanday savol bo'lsa, savollarga javob berimiz va berishni xohlaymiz. Xalqimizningki bu boshqalar tarafidan ya boshqa masalalar o'tirib qo'yilgan chog'da qaymoqib ketmasligi uchun yana inshaalloh yana yuz ko'rishamiz. Har qanday savolinglar bo'lsa, har qanday shikoyat bo'lsa, savol bo'lsa, fikringlar bo'lsa, Dünya Uyghur Qurultayiningki veb-sayti bor, veb-sitesi bor, tor beti bor, u orqali ya bo'lmasa bizlarga bevosita telefon qilib, har qanday yeshilmagan ichinglarda savol bo'lsa, savollarni so'rasanglar bo'ladi. Biz har qachon bu savollarga javob berishga tayyor. Dünya Uyghur Qurultayi bayam deb o'tdik. Hozir bizningki bundaq bir-birimiz bilan jidal qilish vaqtimiz emas. Hammamiz birlashib, tig'ni Xitoyga qaratib, tig'ning uchini Xitoyga qaratib, hammamiz birlikda harakat qilaylik. Bayam deganimdek, hammamiz oxir bir yerga kelamiz. Chunki sizlarga biz muhtoj, bizga sizlar muhtoj. Bu davoni mang'uzayotgan, bu davoni yurgizayotgan insonlarning bu soni chog'liq dunyoda hammamiz bilamiz. 40 odamdan oshmaydi. Ya'ni eng oldida mengayotganlarni deyapman. Mushu insonlar bir araga kelanmasak, birga bo'lanmasak, hech urushmay, tillashmay, bir-birimizga haqorat qilmay, bir-birimizga hujum qilmay, masalalarni o'tirib qo'yib, uqishmasliklar bo'lsa, birlikda hal qilib, fikringlar bo'lsa, aytsanglar bizmo fikringlarga qo'shildigan yeri qo'shilib, qo'shilmagan. O'xshash ko'z qarashda bo'lmasaqmi, bu maqsadimiz ayni Sharq Turkistonning mustaqilligi. Shuningga birlikda harakat qilaylik deyman. Hammanglardan Alloh rozi bo'lsin. Rahmat. Rahmat, Allah razı olsun. Mehmet To'xta efendim, sizden ahirgi sözünü ilip, anondan keyin. Aziz qarindoshlarımızga 3 saat biz bilan birga vaqt o'tkazdi. Ularga ko'p rahmat. Mening deydiganim shu 3 saatlik suhbat jarayonida so'ralgan savollar. Shuning qaraganda mening his qilgan narsam shu. Balki konularda deydi bir tomchi suvda bo'ron chiqarish deb bo'layotgan ishlarning stigini qilsak, yoki yadim bir jumla so'z yoki shuningdan masalani yo'g'ontib bir tashkilotning Sharqiy Turkiston milliy mustaqillik davosiga vakillik qilayotgan tashkilotning yo'lini qo'llashga yetib bordik darajada shunday qaralash. Bu narsalar men haqiqatan ko'nglimni yerim qildi desam ojizlik qildi, biroz g'azabimni keltirgan narsalar. Albatta buni qilgan odamlar emas, ko'p sonli insonlarning niyati yaxshi, shu da'vo ilgirmas ekan, qurultayda xatolik bo'lsa tuzalsa ekan deb yaxshi niyat bilan qilyotdi, lekin bu yerda ba'zi suiiste'molning bo'lganligini men suhbat orqali bildim. Shuning uchun mening deydiganim shu, ba'zi temalar bor, bu Sharqiy Turkiston da'vosi murakkab bir davlat qurish da'vosi, unda bo'lg'achqa ba'zi temalar, ba'zi bir atalg'ular mundaqchilik ko'chib paranlar bilan bo'lganimiz mutaxassislarning mutaxassislik sohasiga kiradigan narsalar, ularning yordamiga ehtiyojimiz bor. Ular bilan hamkorlashishimiz kerak, ularning fikrini olishimiz kerak. Qaror berishdan burun eng muhimi xalqimizning eng oliy manfaati, ya'ni bu chet ellik Uyg'urlar orasida nima gap moda bo'layotdi degan asosli o'rinda emas, xalqimizning eng oliy manfaatiga nima to'g'ri kelsa, siyosiy nuqtadan nima to'g'ri kelsa, qonuniy nuqtadan nima to'g'ri kelsa, bizning uchun to'g'risi shu.
Bir adamning u adamning degani emas, shu xalqimizning manfaati to'g'ri keldigini shu. Ba'zi narsalarda u dokladga kirdi, bu dokladga, u dokladlar kirgani u da'voning umumiy prinsipiga vakillik qilgan narsa emas. Da'voning prinsipi Sharqiy Turkistonni mustaqil qilish. Bu jarayonda u falan dokladda anda deyilibdi, pistani. Onda dokladlardan 100 mingga, 40 mingga chiqdi. Undaq deyiladi, mundaq deyiladi, lekin bu da'voni yo'nalishiga ta'sir qilmaydi. Eng oxirida qarindoshlarga shunday deb qo'ydiganim, Sharqiy Turkiston da'vosi halqalıq bir yak kirdi. Chunki Xitoyning hozir tutayotgan siyosati Uyg'urlarni yutib o'tish, yo'q qilish siyosati. Ya'ni bir avlod ichida mush Uyg'urlarni tamoman quritib o'tish siyosati. Bundaq avvalda o ushaq-tushak narsalarni qarib qo'yib, yaxshi niyatli qarindoshlar fikr o'xshamasa mayli, uni saqlab qolsa bo'ldi. Hatto qarshi fikr olsa saqlab qolsa bo'ldi, lekin bu da'vo masalasida bir yak kelishni o'rganish kerak. Fikir o'xshamaganligini saqlab qilib turibmi bu da'voda milliy manfaatni bir qo'yildi. Ammo Dunyo Uyg'ur qurultayi Uyg'urga vakillik qilmaydigan gapni keskin rad qilaman, qurultay nomidan rad qilaman. Anadan keyin Dunyo Uyg'ur qurultayi da'voni sitvati deganlar ekan, bu jo'yliganlik bo'ladi. Dunyo agar Sharqiy Turkiston mustaqil bo'lsa, Dunyo Uyg'ur qurultayida bunday kesibleşken hech nimadan qo'rqmaydigan, barlig'ini bu da'voga bag'ishlay oladigan fidokor insonlarning fidokorligi bilan ozod bo'ldi, quruq gap bilan emas. Anadan keyin Sharqiy Turkiston Dunyo Uyg'ur qurultayini deb nizomni uni yozamadi. Yozamagan bo'lsa say yoz bir yerdan tasdiqlab o'tkaz. Biz bu o'rganayli uning yo'li qanday ekan, biz buni qilayli. Ammo bu o'zing qilmay, o'zingning hech narsa yo'q, shunda qiyin sharoitda bo'lgan mutaxassislarning fikri bilan bo'lgan narsalarni rad qilishdan burun o'zing qil. Şunlaşqa nurg'un narsalarda turklarning gapi bor, bekorga qarab bo'shamoq qolay, uyda o'tirib hamishni qilib oldi. Anadagi eng oxirgi chaqirig'im hozir Xitoylarning qo'lidagi bir kozur, bu Uyg'urlar davlat, hukumat deganni boshqarish emas, uning nimaligini, hukmni tushunmaydigan millat degan ko'z qarashni etrofga yeyotganlar bor, chunki uningga yetarli kozur bo'layotganlar bor. O'zini hukumat da'vo qilganlar, millatga haqorat qilmay, barliq mush narsalarni taqib o'tib agar hukumat quradigan bo'lsa, yana boshdan qurish kerak. Onda qanaqa 5-6 ta bu chet elliklar anglabmi kulyapti hozir. Bular da'voga foydali ish qilmayapti, ziyonli ish qilyapti. Shunglashqa next solution qat'i nazar, bular bir kelib bularni bir taqab. Agar Sharqiy Turkiston surgunlik hukumat quradigan bo'lsa, butun bayatın Ömer Kanat degandek, butun O'rta Osiyo va hozir Uyg'ur da'vosini aktivlashib, shunda fikrlik insonlarning, vakilli xarakterlik insonlarning qatnashish bilan qilsin, biz birga ishlaylik. Ammo bu u yerdagi hukumat xuddi elaqa mushroom o'ngandek yomg'irdan keyin. O narsalar bu da'voga ziyonlik beradigan narsalar. Hamma narsada biz da'voning manfaatini, xalqimizning manfaatini birinchi o'ringa qo'yishni o'rganaylik deyman. Hammalarga eng salom va hurmatimni yo'llayman. Rahmat, Shkapandiga rahmat va ko'rmanlarga rahmat. Inshaalloh yana ko'rishamiz. Kila qatim ko'rishgacha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Rahmat.